Assalomu alaykum. Hurmatli Iroq yaqinidan kelgan bugungi adib va pedagog Abdulla Talibning tug'ilganligining 100 yilligiga bag'ishlangan shu ilmiy muhokama yig'inimizga har qaysi Iroq yaladan kelgan qadrli me'morlar, tashkilot rahbarlari hammanglar bugungi yig'inimizga xush keldinglar. Yig'inimiz hozir rasmiy boshlandi. Bugungi yig'inimizning rasmiy kun tartibi bo'yicha biz İstiklal Marşımız boyunca başlayımız. Hemen şu İstiklal Marşımızga bir hürmet turuşuga teklif kılımı. Yolda sodek ahtı bizning kanımız. Sen üçün ey yurtımız. Olsun peyda canımız. Hangisi en can verir. Ahır kurtulduk seni, kurtuluşka kalbimizde var bir imanımız. Aklarının canları göçmeydu tarih bekliyor. Kanlı cenk var. Mezunum Allah'ımız, şan hem Mustafa, oldu yavrum Allah'ım. Yaşasın, yaşasın, güzel istikbalimiz. Yaşasın, yaşasın, anlasın istikbalimiz. Şimdi növbette Türkiye'ninki İstiklal Marşı var. Korkma sönmez bu şafak, dağlar yüzden aksancak. Ölmedim vurduğumun üstünde, benden solacak onun yüzüne. Paylaşacak o beni, hayattan istiklal. Çatma kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal. Sınmadan yırtına bir kaçan sana dökülen. Korkma sana hep kapan milletin istiklal. Tövende biz bugün şu faaliyetin uyuşturgan edip ve pedagog Abdulla Talib akımızınki hayati eserler hakkında işlengen bir kıskısı bir film batı. Şu filmni bir tanıştırış filmini koygandan keyin bundan keyin faaliyetimizni devam qilsak. Uyghur romançılığının dastlabki vekillerinden biri bo'lgan yozuvchi Abdulla Talib Uyghur bugungi zamon edebiyoti, jumladan yangi davr Uyghur edebiyoti tarixida munosib o'rin tutilgan Uyghur romançılığının shakllanishi va taraqqiy qilish uchun belgilik to'kib qo'shgan yozuvchilarning biridir. Abdulla Talib 1926-yili Aqsuning Kalpin noyisida tug'ilgan. 1943-yildan 1946-yilgacha Aqsu Darul Muallimida o'qigan. O'qish bitirgandan keyin Aqsuda o'qituvchilik bilan shug'ullangan. 1956-yili Markaziy Ma'rif institutida o'qigan. Shuningdan keyin atalmish Avtonom rayonlik Ma'rif nashriyati Uyg'ur tahrir bilimida muharrir, Ma'rif nazoratining Ma'rif tadqiqot o'rnida tadqiqotchi bo'lib ishlagan. 2005-yili Urumchida vafot bo'lgan.
Abdulla Talibning adabiy ijodiyati 1943-yili Aqsu gazetida e'lon qilingan Marifat Ana nomli tunji she'ri bilan boshlangan. Shu yillardan tortib Fazli Jahon taxallusini qo'llanib, Botir o'g'lonlar, Ona yurtim, ishqida, Shamolga xitob, Ona yurt sevgisi qatorliq she'rlarni orqa-orqadan e'lon qilib, tonilgan shoirlardan biriga aylangan. Uning she'riyat ijodiyati 1949-yildan keyin davomlashgan bo'lib, 1987-yili Jub Haykal nomli she'rlar to'plami nashr qilingan. Abdulla Talib garchi she'riyatdan boshqa dramchilik bilan shug'ullanib, Erkinjanan, Söyginim A'la qatorliq dramalarni yozgan bo'lsa-mu, adabiy hayotida romanchilik asosli o'rinda turdi. Uning Qaynam o'rkishi, Chala tekkan o'q, Lali Qurban qatorliq romanlari ayni vaqtda xili cho'ng ta'sir qo'zg'agan. U 80-yillarning boshlarida roman ijodiyatiga kirishib, Uyg'ur hozirgi zamon adabiyot tarixida muhim o'rin tutadigan shoir Lutfulla Mutallibning jangovar hayoti va inqilobiy kurashlari aks ettirishga bag'ishlangan cho'ng hajmli romani Qaynam o'rkishini yozib, adabiyot sohasida shundaqla kitobxonlar orasida cho'ng ta'sir qo'zg'adi. Qaynam o'rkishi Abdulla Talibning vakillik asri, Uyg'ur romanchilik shakllanayotgan dastlabki mezgillarda cho'ng ta'sir qo'zg'agan romanlardan biri. Shundaqla tarixiy shaxslarning badiiy obrazi tunji qitim nisbatan muvaffaqiyatli yaratilgan yirik asarlarning biri. Bu roman orqali yozuvchi bir tarafdan Lutfulla Mutallibdan iborat bu mashhur shoirning badiiy obrazini roman shakli orqali muvaffaqiyatli yaratgan bo'lsa, yana bir tarafdan tarixiy temadagi adabiy ijodiyatimizni qimmatli tajriba saboqlar bilan ta'minladi. Chala tekkan o'q romani Abdulla Talibning yana bir muhim asari bo'lib, Uyg'ur yoshlarining 1940-yillardagi cho'ng davolg'ush mezgilida milliy mustaqillik ko'rishi jarayonida boshdan kechirgan qismatlarga boy hayot sarguzashtlari, oshkor yoshirin elib borgan kurashlari va milliy mustaqillik inqilobining umumyuzlik bo'lmaganlik sababidan duchor bo'lgan fojialik taqdirlari tasvirlangan. Lali Qurban romani Ching sulolasining oxirgi yillarida Kucha xalqining milliy zulmga qarshi elib borgan kurashlari va oshiq mashqlarning muhabbat erkinligi, shaxsiy ozodlik yo'lidagi jon fidolik tasvirlangan bo'lib, Uyg'ur adabiyotidagi nodir tarixiy romanlarning biri hisoblanadi. Abdulla Talibning romanlari tema jihatda o'rtaq alohidlikka ega bo'lib, hamma romanida degidek vatanimizning tarixiy va ijtimoiy realligi orqa ko'rinish qilinib, Uyg'ur xalqining zulmga bosh egmay, mustaqillik va hurlik uchun elib borgan jangovar kurashlari aks ettirilgan. Abdulla Talib yana Uyg'ur ma'rif tarixi sohasida izlangan bo'lib, uning Uyg'ur ma'rif tarixidan O'chiriklar nomli asari Uyg'ur ma'rif tarixiy dastlabki qadamda yoritib berilgan muhim bir emgak bo'lib, o'zining o'qishchanligi va ilmiy qimmati bilan zo'r olqishga erishgan. Biz Abdulla Talib ustoz tavalludining 100 yilligini xotirlayotgan bugungi kunda uning Uyg'ur adabiyotiga qo'shgan o'chmas to'hfalarini, Uyg'ur ma'rif tarixi sohasidagi samaralik emgaklarini eslash bilan birga, uning yana yosh avlodlarni milliy mas'uliyat ingi turg'izish va millatning haq-huquqini qo'lga keltirish uchun kurash qilishga undash jihati singdirgan aziz mehnatlarini asla unutmaymiz. Marhum ustozning makoni jannat, ruhi shod bo'lsin. Hürmetli ezmeyvallah. Atövende biz edip ve pedagog Abdulla Talib'nin bir kıskaça hayat bilen tanışıp çıkan olduk. Hem de bugünkü jig'inimizningki kun tartibi bo'yicha echilish so'zini so'zlashga dastlab qadamda bizningki Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi va hurmatli Turg'unjon Aloviddin apandini so'z taklif qilamiz. Qani Turg'unjon apandim, so'zga rahmat. Assalomu alaykum. Hurmatli yig'in qatnashchilari, qadrli ustozlar, xonim qizlar va apandilar. Bugun biz bu yerga bir millatning aslimisini, qalam orqali ilib borgan ma'naviy kurash ruhini, Uyg'ur xalqining milliy kimligini va madaniyatini o'z asrida jonliq namoyon qilgan buyuk ziyoli yozuvchi Abdulla Talibning 100. tug'ilgan kunida merhumni yad etish uchun jam bo'ldik. Shuning bilan birga biz bugun vafot bo'lib ketgan
türme ve lagerlarda zulümge uçragan ama milletinin tili, dini, medeniyeti ve kimlik üçün hayatını bağışlagan barlık Uygur münevverlerine mu çonkur hürmet ve sığınış içinde esleyimiz. Bir insanın hayatı çeklik ama onun fikirleri, eserleri ve milletine kaldırgan manevi mirasları mengü yaşaydı. Abdullah Talib mana muşundak şəxslərinin biridir. O kalemini fakat yazış üçünla emas, belki halkını oygutish, milli anını küçeytish ve Uygur kimlikini qoğdaş üçün işletken. O öz eserlerinde halkımızın küreş musafirlerini, cefa müşakkatlerini, arzu armanlarını, tarixini ve kelgüsüge bolgan işenchisini canlılık tasvirlegen. Bugünkü günde vatanimizde fakat insanlarla emas, belki tarihimiz, medeniyetimiz, dinimiz, tilimiz ve kimlikimiz mu ağır yokutuş nişanıga aylanmakta. Mescitlerimiz çakıvetildi, kitaplarımız köydürüvetildi, tilimiz çeklendi, evlatlarımız öz kimlikinden ayrıvetilmekte. Muşundak ağır bir şaraitte Abdullah Talib'e okşaş ziyalilerimizin kaldırgan mirası teximi kıymetli bulmakta. Çünkü bir milletini saklap kalıdığan en muhim amiller til, din, medeniyet, edebiyat, sanat ve öz tarihini biliştir. Eğer bir millet öz şairlerini, yazgıçılarını ve ziyalilerini unutup kalsa, o ahırda o millet özümü yokuluşka başlaydı. Şunu bugün biz ötküzüvatkan bu ilmi muhakeme yığını fakat ötmüşke bolgan hürmetli emas, belki kelgüsüge bolgan bir vədidir. Biz şundak vədi berimiz ki Uygur halkının tili ve dini yokalmaydı. Medeniyeti, edebiyatı ve sanatı mengü davamlışıdı. Abdullah Talib'e okşaş yazgıçılarımız bizge kaldırgan milli ruh öçmeydi. Türkiye tarihten bu yan zulümge uçurgan halklarının avazı bolgan büyük medeniyetinin vekilidir. İstanbul bolsa esirlerden bu yan ilim, fen, medeniyet ve Türk dünyasının uçuruşuş noktası bolup gelgen. Abdullah Talib'nin tevellütünün 100 yıllıkını bu şehirde hatırlaşının alahide ehmiyetlik rolü barlıqı işinimen. Bu fırsatda ben bu ilmi muhakeme yığınını teşkilleşte türkülük rol oynayan Tuygun Abduveli, Abdücelil Turan, Dolqun Eysa Katarlık septaşlarımga ve Amine Vahid hanımga okşaş pidakar hanım kızlarımızga ve barlık teşkilligüçü organlarga ve maddi cehetten töhf koşkan barlık şahslarga çin dilimden rahmet eytimen. Ahırda merhum Abdullah Talib'ne rahmet ve minnettarlık bilen yad etimen. Şunun bilen birge vefat bulup ketken türme ve lagerlarda hayatıdan, salametlikiden ve erkillikiden ayrılgan barlık Uygur münevverlerimizni, alimlerimizni, yazgıçılarimizni, şairlerimizni, dini ölümalarimizni ve millet söyler azizlerimizni çonkur hürmet bilen esleymen. Ularının kaldırgan iradesi, ruhi ve milli mesuliyeti bizge yol gösterip durdu. Allah merhumlarımızga rahmet ata kılsın. Türme ve lagerlardaki qarindaşlarımızın erkinlikке eriş üçün bizlerge toxtavsız küreş kılıdığan güç, kuvvet ve kat'i irade ata kılsın. Milletimizin mevcutluğu, izzeti ve erkinlik üçün kılıngan pidakarlıklar, tartkan capa müşakkatler, berilgen kurbanlıklar mengü unutulmaydı. Hemmanlarga yeni bir kettim hürmet bilen salam yollayman. Salamet bulunlar. Allah'a emanet. Rahmet. Turguncan Aladdin Efendi'nin geçiliş nutku için köpten köp rahmet etimiz. Tövende
Uyghur Erkiti Reisi, hürmetli Ruşen Abbas Hanım'ni şu bugünkü faaliyetimiz için yani bir açılış söz yapılış teklif kılımız. Kanıma rahmet. Assalamu alaikum aziz vatandaşlar. Bugünkü bu ehemmiyetli faaliyetni orunlaştırıcı teşkilatlar ve şahslar hemminlerge kızgın salam yollaş bilen tang rahmetimni minnetdarlığımni bildirme. 1962 yılı tajavuzchi Xitoy hakimiyeti Sharqiy Turkistonda echilib sayrash, ya'ni hamma gullar takshi echilish, hamma iqimlar bas-bas sayrash deydigan bir saxtikor siyosatni yo'lga qo'yib, millatimizning sarxillari ustidan bir qatim tozalash ilib borgan. 66 yılı başlangan medeniyet zor inqilobi mezgillardimi Sharqiy Turkistonning diniy ve ilmi sahadagi ziyolilarimizni yana bir qatim keng ko'lamda tutqun qilish, kurashga tortish va shahid qilish qatorliq razil siyosatlari va harakatlari bilan millatimizni mangulik jaholatda qoldirish harakatlarini vahshiylarcha ijro qilgan. 78 yildan keyingi 10 yil sürgen nisbeten bir az bo'lsa-mu bizga bir kengri siyosat berilgandek bir sharoitda Uyg'ur sarxillari bizning hayotda qolgan yoki turmadan qo'yib berilgan Uyg'ur sarxillarimiz ilm va din sohasida qaytadan zo'r tirishchanliklarni ko'rsatib büyük bir uyg'unish davrini yaratgan. Biz hozir tavalludining 100 yilligini xotirlayotgan Abdulla Talib dadimiz hamda uning xonimi, mening qadrdon o'qituvchim, Uyg'ur ma'rifi sepidagi cho'nqur hurmatga sazovor Raziya Appay xonim ana shu buyuk uyg'unishning shohidlari hamda namunalik istirahchilari edi. Ular yaratgan nadir asarlar ve milli ma'arif sohasidagi tökpillari muhimi vatanparvarlikni bizga ulgu qilib qoldirgan bizning millatimizning eng iftixorli va sarxil kishilari edi. Ular Uyg'urlarning mavjudligi ve mustaqillik arzusiga sadoqat ko'rsatgan qadrdonlarimiz edi. Mustamlikchilikning, milliy xo'rlikning zulmlariga bosh egmaganlar edi. 2016 yildan boshlangan çoğun tazlaşda, yani 3. qitimliq Uyghur irqiy qirg'inchilik davrida biz yana bir qitim zor yo'qotishga duch kelyapmiz. Millatimiz bugun hamma qadriyatlaridan ada-juda bo'layotgan bir vaziyatda minglagan Abdulla Taliblar shahid qilinayotgan, zindonlarga tashlanayotgan bir zamonga yuzlanmoqdamiz. Biz muhojiratdagi Uyg'urlar dünyanın her joylarida intayin cheklik imkonlarimiz bilan nihoyat razil bir diktator rejimininki yo'qotish nishoni bo'lib, rahimsiz bir geosiyosiy muhitda qarshiligini yo'qotmagan millat yo'qolmaydi degan haqiqatni amaliyatimiz orqali isbotlashga tirishyapmiz va bu imtihonda sinalyapmiz. Agar kurashlarimiz davom qilsa, eğer karşılık irademiz ölmese, eğer müstakillik bolgan işençimiz kalbimizde mezmut, kat götürüp turalısa, evlatlarımız biz körelmegen, nurgulluğan Abdullah Talib'dek ustadlarımızı köreleydi, milletimizin erkinlik ve müstakillik cemçilerinin hayatlarını tebrikleyeleydi. Aksici bolganda, qancha ming yillik medeniyetinin, qanchalagan asrlik saltanatlik devletlerinin yaratquchilari bo'lgan bu millatning taqdiriga texmi qo'rqinchli fojialar quchoqlashqusi. Men bizdan ayrilgan barliq aziz qarindoshlarimiz, Abdulla Talib ustozimizdek sarxillarimizning oxiratligiga xayrliklar tilayman hamda Janobi Haqdan texmi ko'p Abdulla Taliblarning dunyoga kelishiga imkonlar nasib etishini umid qilaman. Aziz vatanimizning ve milletimizin erkinlik qalbisiga yetish uchun hammamizning texmi zo'r iroda hem g'ayrat ve shijoatlar bilan tirishchanlik ko'rsatganligi ishonaman va tilakdoshman. Rahmat. Köpten köp rahmet. Ruşen Abbas Hanım'ınki açılış nutqi eslimisi ve izgi tilekleri için köpten köp rahmet aytamiz. Hürmetli iştirakçılar, bugünkü yığınımızda Dünya Uygur Kurultayı, Dünya Uygur Yazgıçlar Uyuşması, Uygur Akademisi, Uygur Project Fondu ve Kanada Şarkı Türkistan Cemiyeti hem de birleşip teşkil edildi. Muşundaq
faaliyetlerini, programlarını ve hareketlerini hem de bizim teşkilatlarımızdan bir ortak teşkilişi, birlikte hareket etmesi elbette bizim kuşal kıldığı ümitlendirirdi. Şuna bunun için mi şu teşkilat rehberleri ve şu teşkilatka mensup azalarga hem de rahmetimizin eğitimiz. Tövende Dünya Uygur Yazgıçlar Uyuşması'nınki reisi Raila Kemal Hanım'ni bugünkü faaliyette açılışını sözle teklif kılmamız. Kanım rahmet. Assalamu alaikum. Hürmetli qarindaşlar, edip, pedagog Abdullah Talip efendim bütün ömrünü Uygur milletinin edebiyat tarihi ve mağrib tarihiga bağışlagan. Bu yolda ömrünü şamga o'xshash eritip tügetken bir ustazdır. Abdullah Talip'nin eserleri Uygur halkınınki uyuqtuş çakırığı boğan. Mana bugün 100 yıl boğan bolsunmu? Abdullah Talip ustazning eserleri bizning ma'naviyatimizga yanada oziqdir, bizga yetakchidir, bizga rahbardir. Bu ilmiy muhokama yig'inining Abdullah Talip efendimning eserlarini yeniden tadqiq qilish, uning ma'naviy boyligini yangi avlodlarga yetkazish uchun yaxshi fursat bo'ladiganligiga, uning izini, uning ruhini davomlashtirishga turtki bo'ladiganligiga ishonaman. Ahırda bu yığından muvaffaqiyatli bo'lishini, hammalarning tenining salomat bo'lishini, boya yuqorqilar deb o'tganga o'xshash turma lagerlarda haqsiz yetayotgan shu qalamkashlarimizning, adib ziyolarimizning tezroq yo'lga chiqishini tilab, bu yig'inga muvaffaqiyat tilayman. Ustoz Abdullah Talipning ruhi shod bo'lsin. Rahmat sizlarga. Raila Kemal Hanım'a köpten köp rahmet. Tövende Uygur Akademisi'ninki muavir reisi Abdülhamid Karhan Efendi'ne açılış söz yapmış teklif kılımız. Assalamu alaikum. Hürmetli qarindaşlar. Men Uygur Akademisi reisi Dr. Rashad Abbasqa hem şundaqla Uygur Akademisi'deki yüzlerce ziyarətlər vakaletten bugün edip beriyotgan edip ve pedagog Abdullah Talip to'lg'anliqninki 100 yilligiga atab bag'ishlangan muhokama yig'inimizga hoş geldinglar deyman. Qarindoshlar, bilimiz bizning tariximizda yüzlerce o'zininki qalami bilan, ilmi bilan kurash qilgan, Xitoyga qarshi qon to'kkan, jon bergan ziyolilarimiz, ulamolarimiz ve avangard insonlarimiz bor. Bugün Xitoy bizni chet elda şu yüzlerce hatta minglarcha Uyg'urni yolg'iz qoldirib, milyonlarcha Uyg'urdan ayirib, Sharq Turkiston milliy mustaqillik harakatini yolg'izlashtirish uchun qo'ldan kelishicha tirishchilik ko'rsatadi. Bugün bu yig'in zali to'lib tekish kerakdi. İstanbul'daki 50-60 ming Uyg'ur bor edi. Ama bu Xitoyninki besim bilan ba'zi qarindoshlar kelmedi. Ama bu qarindoshlarning hammasining ko'ngli biz bilan birga. Gerçi bu savolga kelmagan bo'lsa-mu, ularninki qalbi bizni qo'llaydi, biz bilan birga. Bugünkü yig'inninki videoluk sinüjetlari ham yerda taqildi. Yani bu Xitoy bizningki milliy ruhimizni hiçbir şekilde öldürülmeydi. Biz bununla hiçbir şekilde yol koymayız. Ben öte reisimiz Dr. Rashad Abbas efendimninki açılış sözünü kısaca okup etmekçiyim. Assalamu alaikum, hürmetli ziyaliler, edip tədqiqatçılar ve yığın ehli. Aldı bilen Uygur edebiyatı ve medeniyet tarihinde ölçmez iz kaldırılan meşhur yazgıcı ve mağribçi Abdullah Talip Efendi'nin to'lg'anligining 100 yilligini hatırlash münasebeti bilan o'tkazilayotgan bu ilmiy muhokama yig'inining ochilishini qizg'in tabriklayman. Amerikadagi xizmat va safar o'rinlashtirilishi sababidan bu qimmatli yig'inga qatnasha olmayotganligimdan afsuslanaman. Abdullah Talip Efendi Uyg'ur xalqining tarixiy xotirasini, milliy ruhini ve ma'rifat intilishini edebiyat ve ilmiy asarlar orqali keyingi avlodlarga yetkazgan muhim ziyolilardan biridir. Onun ilmi eserlerinde milletinin tarih geçmişleri, örlükki bolgan intilişi ve medeni mirasları çoğunkur aks ettirilgen. Bugün Abdullah Talip Efendi'nin 100 yıllıkını hatırlaş fakat bir edipni yad etişle emas, belki Uygur halkının manevi baylıqını, tarihi hatırasını ve medeniyet miraslarını kadirlaş, qoğdaş ve keyinki evlatlarga davamlaştırıp yetkizişinin mühim bir ifadesidir. Ben bu yığında sunulgan ilmi doktoratlar ve muhakimelerinin Abdullah Talip'nin icadi mirasını texmo keng tonuşturuşqa, Uygur edebiyatı ve tarih tədqiqatının tərəqqiyatıga yeni töhfələrini qoşuşqa işinimen.
yığınның utuqluq bo'lishini, barliq qatnaşqıçlarınınki mol ilmiy neticelerge erişişini tileymen. Bu yığınның ötküzülüşüge küç çıkargan barliq teşkilat ve teşkilat rehberleriga hem şundaqla barliq qatnaşqıçlarga teşekkürümni bildirmen. Hürmetlen Dr. Rishad Abbas, Uyghur Akademiyasi reisi, 2026 yılı 6 iyun Amerika'nın tunji paytaxtı Philadelphia. Rahmet. Uyghur Akademiyasininki muavir reisi Abdulhamid Qarxan Efendi ve öz jirahtı bolsun gerçi tebrik sözüne şu jığın ahliyle ortaklaşkan Uyghur Akademiyasının reisi Rishad Abbas Efendi'ye köp rahmet eytimiz. Tövende yani bir tebrik sözü için Dünya Uyghur Kurultayı Vakfı reisi Erkin Ahmet Efendim'le sözü teklif kılması kanı var. Hürmetlik Dünya Uyghur Kurultayı reisi Turgun Can Alavut'un Uyghur Hareketi reisi Ruşen Abbas ve barlık teşkilatının mesulları hemmenlerini hürmet ve ihtiramımını bildirimi. Şimdi bu jığın ikinci elbette Uyghur Akademisi burun klasik edebiyatçılarımız doğrusu da köp bu xil faaliyetlerini ötküzgen. Hazırkı zaman Uyghur edebiyatıdaki yazgıcı şairler doğrusudaki benim bilişimçe ikinci mühim bir faaliyet. 1996 yılı tunca qetim Abdurrahim Ötkür'nünki vafatının bir yıllığı münasebeti bilen Ankara'da muşunda bir faaliyet ötküzgen tok. Bu yerde okulgan makalalarını bir makala toplama kılıp neşir kılgan. Bugünküçe o okuyucular tarafından nayeti yakşı paydalanış materyal olunup işletilip Şunu ben bu münasebet bilen bu mühim faaliyetini uyuştuğan bu teşkilatlarının mesullarına bulup ben teyarlık komiteti dedim. Amine Hanım, kadim dostum Toygon, ondan keyin başka barlık dostlar ismini bilmegen Mustafa Engeliye'den 2-3 aydan yakın ayda cepalık teyarlıklarını kılıp bu jığınını ötküzdü. Ben bulağa Dünya Uyghur Kurultayı Vakfı'nınki reisi hem bir edebiyat süyer buluş süpütüm bilen köp rahmet eytime. Şimdi edip şair, yazgıcı Abdullah Talip'nin bizden yeşimizdeki Uygurlar için nayeti zor tesiri vardı. Ben balalık yıllarımda Xitay'la ki işte yerim keçide çırlağan toxa, Gaoyubo deydiğen kitaplarını okuyorduk. Keyin Kayım Turdu romanı çıktı. Onu okuşka başladık. Onundaki 80. yıllarda Abdullah Talip'nin eserleri çıktı. Bu eserlerini okuşka başladık. Hakikaten bunlar bizge hem edebiyatımızı hem milli bu ruhumuzu, milliyetçilik iddiasını bizge sındırışta roluna ait zor oldu. Biz Beijing'de okuğa vaxtıda biz kökrüğümüzü kerip durup biz Uygur'da pəxirlenip deyittik. Şimdi hazır bugün 40 yıl öttü. Bazı Uygur yaşlığa qarağa vaxtımda ait meyuslanıma. Özünün Uygurluğunu değiştin tatını dağan. Her xil sebepler tüpeyildi. Bunun nurgun sebepleri var. Cemiyet şunasla bunu tetkik kılışık tigişlik bir mesele. Deydi şuna. Ben bunu Abdullah Talip'ne rahmet bilen yani bir kıtım yad etime yatka yeri cennet bolsun. Ben birazdan keyin sözleymiş onu köp nesi demekçi emes ben. Türklerininki dağlık bir yazgıçısı var. Ahmet Ümit deydiğen. Deydi o tamak adamның kusuğunu toyguzudu deydi. Ama edebiyat adamның ruhunu toyguzudu deydi. Şunu bizden Uygurlarının bulup mu diasporadaki Uygurlarının ruhumuz aç. Yani bu ruhu kanda toyguzumuz, bu edebiyat bilen toyguzumuz. Bugün diasporada Uygurlarının edebiyatı şekillenvatıdı. Ben birazdan o aktımı toktulama. Nurgun eserler çıkıvatıdı, hikayeler çıkıvatıdı. Bunu biz kanda kalıp yurttaşlığa ulaştırımız. Bu yazgıçılar cemiyeti vazife düşüdü, Dünya Uyghur Kurultayı bütün ammavi teşkilatlara bizden bu diasporadaki edebiyat da ötküz yetişki olmaydı. Bu bizden tarihimiz, medeniyetimiz, bunun keyin chet elde bizden vatanda kılgıl olmaydigan işlerini bu chet elde koyup
taşlap koysak kelgüsü nesil için nayte paydalık. Ben Abdullah Talip'ni tanış fırsatım bolmadı. Abdurrahim Ötkür, Tiyipcan Eliyop, Semet Dogaylı, nurgun yazgıçılarının leksiyelerini anladım. Ürümçüge bağa vakti bizim Merkezi Milletler Üniversitesi leksiye begenti. Yine ait ayacan bilen anlaytık. O vaktideki o hissiyatlarını hem de til bilen tasvirleşki olmaydı. Benim dostum Doktor Nebican Tursun Abdullah Talip'le ilgilecek nesillerini bana anlatkan. Hakikaten bizim o ziyalilerimiz biz örnek ilişki tegişlik ziyaliler. Ben Mir Sultan Osmanov'un yine de işledim bir yıl Til Yazık Komitesi'de. İbrahim Muti, ondan keyin Amina Gaffar. Bula hem kiyiniş, turuş, gep söz, ilim hemmesi bilen bizne hakikaten örnek bulduğun ziyalilerimizdi. Hem de hazırki ziyalilerin avalıkanda ben 30 yılına yakın bağmağın boğaçkı bilmeyme ama biz onlardan pakatla ilim emez, nurgun nesillerini, kanda kiyiniş, kanda turuş, okuguçularının aldıda, kanda ders anlatışta tutsun, hemmini biz bu çoğunlarımızın örnek ağan hemdi. Şuna ben bu jığınımızdan ki yaxşı ütüşünü, bunun keyin bu xil yazgıçılarını davamlıq her yıl değil mesela 100. yılı, 50. yılı, 60. yılı muşundan nimeler bilen biz bunu kılaylı. Bu pek yaxşı bir faaliyet. Yani bugün biz Türkiye'de bütün Türkiye milletlerinin yazgıçılarından az degende 5, 10, 50 adam bilinidi. Bizden bilinmeydi. Şunu biz Türklerge karata, Türk üniversiteleri de Türklerge karatama bu edebiyatçılarımızla anlatışımız lazım. Abdurrahim Ötkür bugün bilinidi. Abdurrahim Ötkür doğrusu da 86-85'lerde doktora disertasiyası yazılgan. Şu Abdurrahim Ötkür'ünü yaxşı bilidi. Biz Ziya Semidi mi bilinidi? Onu mu cık yazıldı, ne kıldı? Benim talipim biz iltimas kıp koyduk. Yani bu asasen buluş ihtimali var. Türkiye'de bu Abdullah Talip'in 100 yılı münasebeti bilen bir Ankara'da Türk soy tarafından bir faaliyet ötküzüş. Bir kitabını Türkçe'ye tercüme kılış. O kitapta şu jığında tanıştırış, ayda faaliyetler bolu dendi. Şu an bizim halkı devletimiz olmağa çıkabımızı Uygurla Türk tarihinde mühim bir Türkiye halk. Ama biz devletimiz yok. Bir çare boğa çıka. Bugün küçük Türkiye milletlerinin 10-30 tane şair, yazgıçılarını tanıştırıp faaliyetler oldu Ankara'da. Bizden devlet tarafından hem Xitay'dan çekindiğin evvel var. Nurgun amiller var bunun işi de. Şuna bizden tazı bulmavadı da. Şuna biz bundan keyin bunun ehemmiyet verişimiz lazım dep oylayma. Hemen köp rahmet. Erkin Ahmet Efendim'e köp rahmet etimiz. Hürmetli mihmallar, bizninki bugünkü şu faaliyetimizdeki teşkillenişi ve royap çıkışıda şu faaliyetin aktif teşebbüsçüsü ve kolluqçusu bu Tuygun Abdüveli Efendim aramızda. Kanada Uygur Cemiyeti'den şu Tuygun Abdüveli Efendim'ni bugünkü faaliyet için bir tebrik sözleş teklif kılmız. Esselamu Aleyküm. Hammanlar bugünkü bu faaliyetke hoş geldinler. Ben Kanada'daki bütün Uygurların ki sizlere salamını elip geldim. Bu Abdullah Talip'in ki tuğulğanlığının 100 yıllığını hatırlaş ve moşunun okşaş yani keleriyle başka yıllarda moşundak bir meşhur ediplerinin ki ya pedagog senetkar moşlarını hatırlaş bir faaliyetini bir neçe yıl oldu Allah benim kalbimi saldı. Bu yıl moşunu kılayıl deyip ötke yıldan beri Dolkun İsa, Rişat Kam, Abdücelil Turan, yenimiz Mustafa bir neçeden bu talepni koygan hem böyle kol dedi. Bunun arasında Nebican var. Şunu bilen hazır şu faaliyetini hatırlaş için bu yerge toplandık. Bu faaliyetin ki ötküzülüş için Kanada Şərq Türkistan Cemiyeti yukarıdaki bu 3 teşkilat ve şahslardan Ümit Tursun Germaniyadan, anıldaki Mustafa Celil Qari aramızda turuptu. Amerika'dan Semet Avot, ben Dolkun İsa Katarlıkla aldı keyni bulup 8-9 bin dolar topladık. Şuna hem böylenge bunun rahmet etimen. Kanada Şərq Türkistan Cemiyeti 1000 dolar yardım kıldı. Kanada Şərq Türkistan Cemiyeti yıllardan beri
Kanadadan ve Kanada'nın sırtı boğan her kanda bir faaliyetlerge qo'llab kelgilik maylin yetebreş olsun sizler bilüsler Türkiye'dekiler ya ki arxeologik keseller, afet, bu bo'lsa yordam qiliqliq ve bunun keyin mi qiladi ve mushundaq faaliyetlerge davamlıq yordam qiladi. Şuna Kanada'daki hemmelerinin sizlerge salımı var. Ben sizlerinin buraya kelip bu faaliyetke qatnashib berganliklaringdan ayt hoş buldum. Xuddi o'tirimizda Abdulla Talip akam davamlıq Abdulla Ruz taqdim qilgan kepki-shakrisini kiyib bejiyib o'ltagandek, o'ltirayotgandek ko'z oldimda ko'rinib o'tdi. Nayeti hoş buldum. Rahmet. Tuygun Abdülay efendim köpten köp rahmet. Tövende yani bir açılış sözü için Dünya Uygur Kurultayı'nınki muavir reisi Abdurreşit Abdülhamit efendimle söz teklif kılımız. Assalamu alaikum. Hiçbir programda bağlılıkını bilmedim de bizim reis söz kılgandaki benim söz kılışım aslında zörüme emes idi. Şundaq bolsa hem de teklif kılıngandikin bu bizdeki uluk zatımız, edebimiz, pedagogumuz Abdullah Talip'ninki 100. to'lg'an yılı münasebeti bilan ötküzülgen bu faaliyetke töhp qo'shgan barliq tashkilotlarni, shaxslarni hammasiga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Ham bir yozuvchilar, san'atchilar, pedagoglar, undan keyin falsafachilar bu bir millatninki ruhini keyingi avlodlarga yetkazadigan bir omil. Tarixchilar bir millatninki o'tmishini kelgusiga yetkazadigan, kelgusiga nur bo'ladigan, o'tmishiga aynak bo'ladigan bir vosita. Abdullah Talip efendim bizningki adibimiz hem tarix, hem edebiyat, hem milli ruh bularni hammasini mujassamlangan holda keyingi avlodlarga yetkazgan bo'libmi? Bizningki yoshlarimizdagi 50-60 40 yoshlardagi bularga yetkazishda nayt cho'ng rol o'ynagan bir shaxs. Bizningki milliy ruhimiz, vatanparvarlik ideyimiz bir zulmga qarshi kurash qilish kerakligini bizningki qalbimizga sog'an muhim bir shaxs deb qarayman. Shunlashqa Abdullah Talip adibimizda va barliq vatanimizda vafot bo'lib ketgan va hozir turmalarda va lagerlarda so'linib turayotgan adiblarimizni, pedagoglarimizni, yozuvchilarimizni hammasini minnat bilan eslayman, yod etamiz. Ularninki eng qisqa vaqt ichida qutulib chiqishi uchun qo'limizdan kelishicha tirishchanlik ko'rsatishimiz kerakligini va ko'rsatilganligimizni bu yerdan yana bir qatim jakarlayman. Hammalarga ko'p rahmat. Abdurreşit akamga köpten köp rahmet. Tövende bugünkü şu faaliyetimizdeki şu üniversitede uyuşturuluşu ve muşsallarına eliniz katarlık muşlarda bizge köpten köp yardımcı bolgan. Broni Üniversitesi ve Broni Doktorxanasınınki Türk dünyası meseleleri mesulü Raziya Qashqarlı xanımni bir ko'ngil so'z qilishga taklif qilamiz. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, aziz mehmonlar. Hammanglar hoş geldinglar. Ben bugünkü bu faaliyetga alayda bir tayyorlik qilolmadim. Faqat ichimdan kelgan azroq gaplarni sizlar bilan o'rtoqlashqim keldi. Biz gerçi bugün bir yerda bir olimimizni xotirlash uchun jam bo'lgandek ko'rinsakmi, ama bu faqat bir adibni aslash emas, balki bir millatning kuchini, madaniyatini va ruhini aslashdir. Vatandan yiroq yashayotgan bo'lsaqmi, qalbimizning eng cho'ng orzusi yanada o'xshash. Dinimizning, tilimizning, madaniyatimizning va adabiyotimizning avloddan avlodga davom qilishidir. Eng qisqa vaqtda yurtimiz Sharqiy Turkistonning eng go'zal shaharlarida ozoda va xotirjam muhitda Abdullah Talipga o'xshash adiblarimizni, milliy kimligimizni, dinimizni qo'g'dash yo'lida jon bergan qahramonlarimizni xotirlash yig'inlarini o'tkazish nasib bo'lg'ay. Alloh taolo xalqimizga ittifoqlik, kuch-quvvat ato qilg'ay. Kelgusi avlodlarimizga izzatlik bir kelgusi nasib bo'lsin. İlhamimiz o'chmasin, umidimiz so'nmasin. Millatimizning ruhi mangu yashnasin. Hammanglarga cho'nqur hurmat va samimiy rahmatimni bildiraman. Rahmat sizlarga. Raziya Qashqarlı xanımga köpten köp rahmet. Tövende özü bu faaliyet kilemegen, lekin her kaçan bu faaliyetninki teşkilinişe ro'yobga chiqishida yakından
yardımda bolgan, aktif teşebbüs kılgan, kollagan Dünya Uygur Kurultayı'nınki sabık reisi, Uygur Demokratiya ve Kişilik Hukuk organınınki hazırki reisi Dolkun İsa Efendi'ninki bugünkü şu faaliyetimiz için sözlegen bir tebrik videosu var. Şu bir videonu huzurunuzda sunsak. Esselamu Aleyküm hanımlar efendiler. Bugün vatanperver saptaşlarımız bir araya gelip İstanbul'da 20. asırda Uygur halkının yetiştirip çıkan yütük yazgıcısı, adibi, muharipçisi Abdullah Talip Efendi'nin tavallutunun 100 yıllık münasebeti bilen bu ehemmiyetlik faaliyetini orlaştığınızlarga ve bu yagi cemboğunuzlar için sizlerini kızgın tebrikleymen. Ve bu faaliyetinin muvaffakiyetlik buluşunu çin kalbimden arzu kılıman. Bunda bir ehemmiyetli günde sizlerge okşaş septaşlarım bilen bir yagi cem bulup bu gününü birlik hatırlaşını tolumu arzu kılgan bulattım. Afsus ki sizlerge bu məlum boğan sebepler tüpeydin Türkiye kirişmesiyle tekrar bulanmıqaşqa sizler bilen bu sorunda birgi bulamadım. Şuna üzemnin köngül sözlerimni bu video arkalık sizler bilen ortaklaşını uygun gördüm. Ben Abdullah Talip'ni atalmış Şinjan Üniversitesi okuvatkan vaxtlarımda tanıgan, ustaz tutkan 1987 yıl 88 yılı ben Şinjan Üniversitesi okuvatkan vaxtımda başlatkan akartış hareketleri ceryanında özünün köp məlumatlarını, tecrübe savaklarını ve fikirlerini ağan. 1988 yılı 6. ayının 15. günü biz başlatkan Milli Kemsizlik'e narazılık bildiriş namideki namayiş hareketini başlatıp ben göz altığı ilingan ve mektepten edelgen vaxtlarımda nurgullagan dostlarımız, savaktaşlarımız, hatta uruk tuqqallarımız biz bilen alaqılıştın üzün tatkan, hatta münasebetlerin üzgen vaxtlarda bu ustazımız hiç işkilenmestin bana zor manevi teselli bergen ve kılan işimizden tarihi bir vaka boğallığını herkes bunun puşaymanlık duygusu çekmesligim gerekligini bunun bir tarihi yaratkan bir vaka boğallığından ibaret muşundak cesaret bilen bizni rağbetlendirgen çünkü vaxtlarda ben teki 18-19 yaşlardaki bir güdek balıttım. Çünkü her günü sorak suallarga duş kelgen boğallığımız için xuddi insanların bizden keçivatkanlıktaki bir şaraytta xuddi bir hata iş qilib qolgandimizmi degan o'xshaydigan shaytonning vasvasalariga duchor bo'lgan mushu vaqtlarda ustozimiz Abdullah Talip, Nizomiddin Hüseyin, Hacı Yakup Adatga o'xshaydigan bir qism munavvar, vatanparvar, milliyetçi ustozlarimiz bizning ruhimizni her zaman tik surishimizga, irodamizning sunmasligiga ve qaysarlik bilan dadil o'tirib chiqib faaliyetlerimizni davomlashtirishimizga ma'naviy turtki bo'lgan ve madadlarni bergan edi. Onundan keyin bu mektepne edeldim 88. Ondan keyin bu ustozim bilan ko'p uchrashishlarda bo'ldik. Nurg'un fikrlarni aldım. Yani mening keyingi hayatımның keyingi bosqichlarida bo'lsin va yoki Şinjan dashida o'qiyotgan vaqtlarda o'quvchilar harakatini aqartish harakatlarini boshlagan davrlarda bo'lsin, mening dunyo qarashimning tiklanishi ve siyasi hayatımga faaliyetçi bo'lib o'tirib chiqishimga bo'lgan jarayonlarda menga nisbatan zo'r ijobiy ta'sirlarni qoldirgan bir ustozim edi. Bu ustozimiz aramızdan ketdi. Bir inson yozuvchi bo'lishi mumkin, yoki shoir bo'lishi mumkin, yoki adib bo'lishi mumkin. Ama Abdullah Talip ko'p qirliq yuqori deganimizdek Uyg'ur xalqining 20. asrda yetishtirgan yutuk erbablardan biri edi. Muharibchidi. Uyg'ur adabiyotiga romanchilikni akirgan tunji adiblardan biri edi. Shoirdi. Ve shundaqla eng muhimi vatanparvar bir muallimdi. Bana o'xshaydigan nurg'unlagan yoshlarning. Bu munosabat bilan men ustozim Abdullah Talipni hurmat bilan eslayman. Nur ichida yotsin deyman. Abdullah Talip bugün aramızda bo'lmasmi, ammo o'zining qimmatli eserlari Qaynam Örkişi, Çalı Tekken Ok,
Uyghur muharip tarixinin uçuruklarına okşaydıgan, egerlik at okşaydıgan nadir eserleri bilen halkımızın kalbide mengu yaşaydı. Onu yaşıtımız. Mana bugün İstanbul'da ötküzülatkan muşu faaliyet mi? Onun gerçi aramızdan fizik cihetten ayrılgan bolsa mı ama onun kaldırgan eserlerinin, onun royunun, onun kaldırıp ketken eserlerinin biz bilen mengu yaşaydıganlığının ve bizde çeksiz çunkur izlarının kaldırganlığının tipik misali. Bu münasebetle ben Abdullah Talip ustazımga yeni bir qatim hürmet bildirmen ve bu münasebet bilen bu murasimning muvaffaqiyatli ötüşünü arzu kılıman ve yig'in qatnaşkan barliq dostlarımga salamlarımni yollayman ve en ahırda bu faaliyetning teşebbüskarlığını qilib kelgan bir şekilden buyan ve bu murasimning bugun vujudga chiqishiga maddi, ma'naviy, fikriy ve yetakchilik qilish bilan yo'l ko'rsatgan do'stim Dünya Qurultiyi Neşriyat Komitesining müdiri Tuyg'un Abduvali apandiga yana bir qatim chunqur rahmatimni ve salamlarımni yollayman. Hürmetli kinahli Dolqun Aysa apandimga köpten köp rahmat. Tövende Uyghur Project Fondi mas'uli Doktor Erkin Sırk apandimninki bir qisqacha bir tebrik videosu var. Muş videonu bir ko'rib etsek. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, aziz qarindoshlar. Sizlar bugun shoir, yozuvchi ve pedagog Abdullah Talip ustozimizning tug'ilganligining 100 yilligini xotirlash uchun mazkur so'ringa jam bo'ldinglar. Men Uyghur Project Fondiga vakolatan sizlarniki bu ahamiyatli faoliyatinglarni chin qalbimdan tabriklayman hamda sizlarga chin ko'ngildan rahmat aytaman. Vatandagi Uyghur ziyolilar Xitoy Kompartiya hokimiyatining qo'lida sistemalik bostirilayotgan va yo'qlayotgan bir vaqtda Abdullah Talipga o'xshash shaxslarni yod etish, milliy madaniyatimizni saqlab qolish va tarixiy mas'uliyatimizni ado qilish yo'lidagi bir muhim faoliyat bo'lib, u mundaq bir qancha kuchli qiymatlarga ega. Birinchidan bu faoliyat Uyg'ur madaniyat boyliqlarini saqlab qolish yo'lidagi muhim bir tirishchilik bo'lib hisoblanadi. Ikkinchidan bu faoliyat Uyg'ur ziyolilarining ko'rsatgan fidokorliklariga bo'lgan hurmatni namoyon qiladi. Üçüncüden bu faoliyat Uyghur edebiyatıning milliy kimligining turiki bo'lishdek muhim o'rnini ta'kidlaydi. To'rtinchidan bu faoliyat yana muhojiratdagi Uyg'ur jamoatining ittifoqligini kuchaytirdi. Beshinchidan bu faoliyat yosh avlodlarni o'zlari tava bo'lgan tarix va madaniy miroslarni o'rganish fursati bilan ta'minlaydi. Oltinchidan bu faoliyat xalqaroning diqqatini Uyghur xalqiniki hozir tortayotgan azoblarga va hozir uchrayotgan irqiy qirg'inchiliklarga jalb qiladi. 7-dan Abdullah Talipni yod etish Uyghur millatining zulmiga boshlanmas ro'yini va Uyghur madaniyatining zarbiga tezbikmas xarakterini gavlandirdi. 8-dan bu faoliyat Uyg'urlarning umidvorligini jazmlashtirdi. Uyghur madaniyati, tili, adabiyoti ve tarihi esleme xatirlerini saqlab qilish mas'uliyati hozir asosan muhojiratdagi Uyg'urlarniki zimmasiga tushdi. Abdullah Talipga o'xshash olimlarimiz ve yozuvchilarimizga hurmat bildiradigan ilmiy faoliyatlarni, adabiy yig'ilishlarni ve madaniyat simpoziumlarini qizg'in qo'llab turayotgan har bir Uyg'ur bizning hurmatlashimiz ve qadrlashimizga arziydigan kishilar. Oxirida men sizlarning bugungi bu qimmatli faoliyatinglarga muvaffaqiyat tilayman. Erkin Sırk akımızdan mahkumat söz köpten köp rahmet. Hürmetli janahli bugungi yig'inimizning dastlabki kun tartibi bo'lgan echilish va tabrik qismi hozir oyoqlashdi. Endi Brunei universiteti bir universitet bo'lish sifati bilan yillardan beri Uyg'urlarningki shu orqali yig'in faoliyatlarimizni aktiv qo'llab kelyotdi. Ondan başka yani Brunei Üniversitesi okuyatkan Uyghur okuyuşlarının Şarkı Türkistan ve Uyghur medeniyetinin tarihi, medeniyetini, milli medeniyetini tanıştırgan her xil programlarını aktif qo'llab kelyapti ve bundan keyin qo'llaydiganligini bizga bildirib kelaylik. Bugungi shu yig'in zallarini bizga uyushtirish va mishada faoliyat uyushtirishimizga ruxsat qilishmi hamda shuning jumlalaridan biri. Shunlashqa hamda bizma bir sahibqon bo'lish va Uyg'ur olush sifatimiz bilan hamda bir universitetga azroq bir ko'nglimizni shu az bo'lsa-mu ko'nglimizni bildirishni bir muvaffaq ko'rdik.
Şunlaşqa asli bugünkü faaliyetimizge bu universitetninki müdiri özü ekemekçi bolgan ve söz kılmakçı bolgan tebrik sözlerini. Lekin ailesi bir cenaze bopqağalık için bugünküler meyirgalıqın edigen bizge uqtadı. Şunlaşqa biz Melike Sünkenmeson hem de mektep müdiri Adnan Yüksel Efendi ve şu mektep rehberlikiga hem Uygurlarning kichkina bir ko'ngilni bildirish sübtida azgın olsun bir hediye tayyorladik. Ve bu hediyeni hem de mektep müdiri vakaleten şu Brunei Üniversitesi'de işlevatkan ve Türk dünyası mesulü bolgan Raziya Hanım tapşırıvasa hediye bir işke Mağfiret Kemal Hanım'ını teklif kılımız. Assalamu alaikum aziz yurttaşlarım, ustazlar, hammanlar hoş geldinler. Bugün hakikaten ait ehemmiyetli bir faaliyette cem bolup turupdimiz. Bir milletning tarixida ma'rifchi bo'lish sifati bilan, yozuvchi bo'lish, shoir bo'lish sifati bilan hammamizning ko'nglimizda taxt qurgan bir ziyolimiz. Ama ma'rif jihatdagi to'pisi mencha nihoyat muhim deb qarayman. Chunki ma'rif bir millatning ko'zi, qulog'i, og'zi, qo'li, puti. Agar ma'rifdan ayrilib qolsa bir millat dunyoni ko'ramaydi, hech nimani anglamaydi, bir yerga boramaydi, ya'ni palash holiga kelib qoldi degan gap. Şuna Uyghur ma'rif tarixinin tadqiq qilinishi va Uyghur ma'rif tarixininki o'tirib qo'yilishida ma'rif tarixiy o'chiriklerini yezib bizga yo'l ko'rsatgan bu ustozimizning 100. yaş kunida bu yerda jam bo'lib, uning minnatdorligimizni, shukronlarimizni bildirib turyapmiz. Hammalarga ko'p rahmat aytaman. Bu faoliyatlarda, bunun o'xshash faoliyatlarda haqiqatan yer tepish oson emas. Qo'llab quvvatlanishga erishishmi oson emas. Hozir borgan sari mendan burun so'zga chiqqan sabdoshimiz deb o'tib ketdi. Xitoyninki qo'li hamma yerga uzrab ketdi, uzayyotdi. Shuning uchun bizning da'vorimizninki kun tartibga kelishi, boshqa millatlarga anglitilishi oson tushmayotdi. Hatto o'zimizning millatimizmi shunchalik etnik qirg'inchilik uchrayotgan bir millatninki xalqimi hozirgi og'ir ahvolimizga texi to'nib yetgan deb o'ylamayman men. Yana shu azroq kompyuterga aldanib, yana bizningki shunday faoliyatimizga qechishga o'xshash vaziyat bor. Shuning uchun men bu universitetninki rektori professor doktor Adnan Yüksel hocamızga ve spor, kültür ve sağlık bölümününki mesulü doçent doktor Hakan Dülkadir oğluğa rahmet etme ve bugün Raziya Hanım bilen tanıştığım bir yerde Türk dünyası faaliyetlerinki mesulü bulup bu üniversite işleydi. Ben özleden gurur duydum. Tebrikleyme ve bana bu şerefini bergen, bugün bu faaliyetini uyuşturgan bütün teşkilatlara rahmet etme. Bizning milliy an'anamizningki simvollardan birisi Ramab. Hürmetlik yenahli. Hem de bugünkü şu yığınımızınki yani bir aktif teşkilatçısı, kollukçusu, teşebbüsçüsü bizninki yıllardan beri medeni marif ve neşriyatçılık işlerimizde bir canlılık hizmet kılıp kelyatkan hürmetlik akımız Abdülcelil Turan Efendi şu özünden bir işki kız konuğul sözüne ve tebrik sözüne kılıverse onun için bugünkü şu açılış merasimimizni ayaklaştırmamız. Kana Abdülcelil'e. Bismillahirrahmanirrahim. Ben bir yerde söz eydiğalıqımdan bilmeydim. Şoňa wagtçyrak kelgen. Nimede işte bilmeyme. Dep baka yana. 2023 yıla dostum Abdülhakim İdris Xotan bilen biz Xotan İslam Hökümetininki 90. yıllık Muhammed Emin Buğra degan bir mezmunda bir sempozyum qilgan. Buni dostumuz Tuygun anlap sizning xotanlik Muhammed Emin Buğra bo'lsa bizningki kalbinda Abdulla Talib bor. Abdulla Talibninki 100 yillikni qilayli dedi. Ay deb 2023 yıldan başlap bununki tayyorlikni qildik. Qanday qilamiz, qachon qilamiz degan masala o'tirib qo'yildi. Shuning bilan Abdulla Talibninki ikki xil yilnamasi bor ekan tug'ilgan yılınki 24 ve 26 deb 25 baba onu ben kömürdüm 25 de sizler kagen çağlar var. Alakalar şundan 24'ke yetişemediğimizde 26 kılayıldı bunu biz dolqon, tuyğon biz mesela qilib bir yerga borgandan bu programın anlagan akademikler
Erkin Siddiq, onun için Burayla Hanım yazğıçlar reis bolğan için bular biz hemmimiz bununğa katkıda kılsak, birlik kılsak degandan bunu dep 5-6 aydan yanqısı qattiq tayyorlik qilib bugun bu yig'inni o'tkazib o'tamiz. Bu yig'inning yaxshi bo'lishini umid qilaman. Men Abdulla Talib haqidan boshqa adabiyotchi emas. 82-yilda Urumchiga borsam, tunji qatim 3 kun bo'lib ekan Qaynam o'rkishi degan romani bozorga silinqada. Azan o'chog'ida kitob 2 oy 6 oy shunday ekan, 700 necha betlik bir kitob. Shuni o'qib, o'zining bir og'ayninki mashinasi bo'lgan, shuningki kepingisida o'ltirib o'qib kelgan, undan keyin Chalatakkan o'qni keyin Misrga o'tib ketgan yerda o'qidik. Nimani Qaynam o'rkishini buni biz Abdulla Talibninki bu yig'iniga shu tuyg'ularninki, boshqalarninki moddiy yardım bilan 4 dona kitobini nashr qildik. Qaynam o'rkishi, Lala Qurban buni 3-40 nashriyatininki o'z bo'yicha nima qildik. Egarlik ad bilan Qaynam o'rkishini yangilab qaytadan kompyuterga tizib o'qib uni nashr qildik. Hali mishada men o'xshash mishaki chiqib so'zlaganlarga bu Abdulla Talibning 4 dona kitobini paket qilib inom qilmoqchi. Bizning mishaki bo'lsin. Hammaning rahmat. Eçiliş gün tertibi, eçiliş ve tebrik söz kısmı yığınımızın müşahede ahırlaştı. Hürmetli mehmanlar, biz bir 10 minut demasak bir çay kahve, bir piçin pranikli bilen şu üstellerge hazırlandı. Bir 10 minut için yığınımızda resmi başlasak. Assalamu alaikum Tuyğunka, hoş geldiniz. Sizden müşkatim qiyamda Abdulla Talib ustazımızdaki tuğulğalıqның 100 yıllık ilmi muhakeme yığınıga köp ecir kıldınız, köp iş çıkardınız maddi manevi cihetten. Endi siz bu faaliyetninki mühim noktasını ne dep qaraysiz? Bu faaliyetning mühim noktası bolsa vatanimizde Uygur yazıgıda çıkıvatkan kitaplar çeklengen, tamamen neşirden toxtagan, til işletiş toxtagan bundak bir devirde bizninki Abdulla Talib'tek büyüklerimiz yazıp kaldığan eserlerini kaytıdın Uygur tilida köplep neşir kıldırıp yazıp çıkarıp evlatlarımızga tunuşturuş ve hazırki etrafımızdaki yaşlığa ösmürlerge tunuşturuşның nait mühim ehemmiyet ekenligini bilip muşunaq faaliyetini davamlaştırılır dep degan maqsadda şuna bu faaliyetke nait kuch chiqardik. Muşunaq faaliyetler yana davamlıq boludu. Assalamu alaikum Rayla Hanım, faaliyetga hoş geldiniz. Siz Dünya Uygur Yazıcılar Uyuşması'nın reis buluş sıfatınız bilen ve şundaqla bu qatimki faaliyetini ötküzgen teşkilatlarının biri buluş sıfatınız bilen bundan keyinki vaqtlarda şu xillik faaliyetlerini ötküzüşünü mühim dep qaramsız? Elbette mühim dep qarayman. Bundaq bo'lishi bo'libmi hozirgi sharoitda tariximiz o'tgan adiblarimizni xotirlash bizga qurgan ma'naviyatimizga buloq bo'ladi. Vatanda bo'lsa bizning sarxillarimiz, adiblarimiz, yozuvchilarimiz lagerlarda, turmalarda yotmoqda. Ularning unlari dunyolarga anglatish imkoniyatidan mahrum. Biz bo'lsak, garchi muhojirat oz bo'lsakmi, biz erkinlik ega, biz ovozlarimizni yetkazish fursatimizga ega. Biz shularning ovozi bo'lib, mushundaq adiblarni xotirlash orqali ularning g'oyalari, ularningki maqsadlari, asarlari bilan uchrashib, ma'naviyatimizni so'ralaymiz. Ham bolalarimizga, yoshlarimizga bo'lgan kimlikni bildirish, ajdodini bildirish g'oyamizga yetalaymiz, orzuyimizga yetalaymiz. Ham bu orqali ularningki o'z millatini so'ydigan, Uyg'urlikdan iftixorlanadigan bu xil maqsadimizga ham yetalaymiz. Menimcha bu xil faoliyatlarni ko'p o'tkazish hozirgi sharoitimizda intayin muhim. Rahmat. Assalamu alaikum. Avaz barmı? Hürmetli yığın iştirakçıları, biz bugün hem de yığınımızdaki ikinci ret tertibi sübtida okulduğun ilmi muhakeme yığınımızdan hazır başlayımız. Birinci bulup Ankara Dil Tarih Coğrafya Üniversitesi'nin profesörü Erkin Ahmet Muallim bizge şair ve yazgıcı Abdulla Talib'nin Uygur romançılıkdaki rolü namlıq makalesini sunudu. 11 bitimden keyin 3 efendiler Ürümçi'ye kelgandan keyin İsa Yusuf Abdikin, Mehmet Emin Bora, Mesut Sabri Baykozu bular Ürümçi'ye teklif kıldı. 46-yılı bu Ürümçi'ye keldi Alimcan Abdullah. Ürümçi'ye kelgandan keyin
Ürümçide o hükümette yer algan. Ondan keyin bu Alimcan Abdullah o dönemde Alga gazetede müdür olup vazife ötegen. O 55. yılı bir ziyafetke katnaşkandan keyin Ürümçide Turpan'a ketip etip Davançı'nda bir maşina kazası bilen 1955 yılı vafat bolgan. Bu birinci roman, yani Dolkullar arasında dep ben muşu tarihten başlaş lazım dep oylaymam Uygurlarının ki romançılık tarihini. İkinci roman yazgan kişi Lutfullah Mütellip. Lutfullah Mütellip Ürümçi'de işlevatka vaxtıda Sovyetler Birliği'nden bir heyet keldiken Şarkı Türkistan'a. Bu Şarkı Türkistan'ın hem yerlerini bu mehmanlarını aylandırıp kaytıp kelgenden keyin Davallar Aşkanda degen bir roman yazganken. Bu romanın yazılganlığı Beycan merkezi bu ittifak mektebi deydi o. Mesela bizim Merkezi Milletler Üniversitesi'ne yakında o mektep. Tüenşav degen bir mektep. O mektepnin derslik kitabı da Lutfullah Mütellip'nin bir roman yazganlığı doğrusu da Xitayçı derslik kitapta bir malumat var. Ama o kitap bugünge yetip kelmegen. Afsus ki bu ikinci roman kolumuzda yok. Ama tuncu ikinci roman değişik oldu. Üçüncü roman Uygur romançılık tarihinde Mehmet Emin Tohtayov. Bu aslında bir resim fotoğrafçı yani. Kaşgar'da bir Namrat ailede dünyaya geldi. 36-38 yıllarda Ürümçi'de okuydu. Bunun hayatı uzun bir hikaye. Yani bunu bu ki Şanghay'a vardı. Şanghay'da okup bunun diken Hong Kong'a vardı. Hong Kong'dan kaytıp geldi. Uzun bir hayat hikayesi var. Bu bir roman yazıldı. Romanını bir Xitay işkire ülkelerge elip gitti. Kiyin bu roman Uygurçaga tercüme kıldıran Xitayçı yazıp kaldırgan bir roman bu. Kallık Yer namlık roman. Bu da 170 sayfadan teşkil 170 sayfa 78 sayfalık kısa bir roman betlik. Bu üçüncü roman Uygurlarınki romançılık tarihindeki Kallık Yer. Bu roman keyin vatanda neşir kılındı bu roman. Onundan keyinkisi Mannuri Abdurusul. Tan aldığı Tuğulgallar namlık roman. Bu mu 40 yıl ötkenden keyin 98. yılı vatanda neşir kılıngan. Bunu 4. roman değişik oldu. Bizden vatanda çıkan 4. romanımız. Onundan keyinki bugünküçe kolumuzga tegmegen ama yazılganlığı doğrusu da malumat var. Ama bugünge yetip kelmegen her xil sebepler bilen yok edilgen romanlar var. Mesela Abdülaziz Mahsum, onundan keyin İbrahim Turdi katarlık kişilerin roman yazganlığı doğrusu da malumat var. Lekin ama o roman bugünge yetip kelmegen. Onundan keyin 1970 yıllarda hemimizge malum Qayyum Turdi'nin Kızıltağ İtigi'de Küreşçen Yıllar, Cimcit Cungariye, Süzük Asman namlık romanları neşir kılındı. Bu romanlarını köpümüz o vaxtlarda okuduk. Abdullah Talip ve eserleri. Ben hem de bu cıkını burun okugan, hazır çıkanlarını bir kur kayıtı bir okup burunku nemelerim yadıma geldi. Umumi cihetten elip etkanda romanlarının alaydılığını bu roman Uygur edebiyatına kanda töhpelerini koştu. Ben bunu birkaç madde şeklinde hulaslap sizlere anlatmak için ben hayatını abiyatın dep öttü. Kayta tekrarlaşımdan haceti yok. Özü Kelpin'de bir Dihan ailesi tuğulgan, keyin Aksu'da okugan, özü okugan Darül Müellim'inde okutuşuluk kılgan, keyin Beijing'e verip Beijing'de Mağrip Enstitüsü'de bilim aşı olgan. Keyin kayta kelip o Mağrip nemesidir hem tetkikatçı. Mağrip tarihimi muyum. Bularını yazıp kaldırgan kişilerden biri. Abdullah Talip. Kaynam Örküşü bir biyografik roman hem de. Biz biyografik roman aslında pek muyum yani. Bu dünya edebiyatında. Fakat o bir adamın hayatı anlatılgandek tuğan bilen
şu milletinin tarihi, o mezgildeki siyasi vaziyet, iqtisat, cemiyet kurulması nurgun meselelerine takışıdı o biyografik romanlar. Şu chet elde bu edebiyatçılar arasında bu biyografik roman naiti muyum. Ben bu meyle kaynam örküşü de olsun, meyle igerlik attı olsun. Bula küpü ılkım malum ras boğan vaka üstüde yazılgan romanlar. Şuna bunundan mesela bir Fransız bir yazgıçının bir sözü var. Yazgıçılar roman arkalık bir cumhuriyet kuralaydı deydi. Mesela bizim evlatlarımız vatangi berip kilenmeydi. Biz Şarkı Türkistan Cumhuriyeti o bu digen bilen onun kallısı da bir şekillengen cumhuriyet yok. Yani bizim payitahtımız, anlatımız ballarımız. Ben mesela romandan Kaşkan'ı anlatkandım balamga. Kaşka vagandan keyin dedi ki dada dedi sen anlatkan Kaşkamışım mu dedi. Yani biz onu edebi anlatımız da onun. Şuna ne demekçi ben? Mesela Çetel'deki bu biyografik eserler arkalık Uygurların vatanımızına evlatlarımızdan kallısı da şekillendirişimiz lazım. Mesela bunu İgerlik attı köreleyimiz. İgerlik atta Abdullah Talip bizim coğrafiyanın ait yaxşı bildiğin adam kenende. Şu anlatkan tasvirlerde kaysı nayimizden neler bilen çigirisinin boğallığını bazı sözlerinin etimolojisinin biridir Abdullah Talip. Bunun manisi ma manadı kilodu depte. Şuna bu cihetini elip etkanda Abdullah Talip'nin o romanlardan başka yana Cüpeykel, Marifet Ana, Unutulmaz Hatıra, Uygur marif tarihinden uçurukla. Gerçi o marif tarihini köge vaktimizde hazır ki göz karışımızla karısak da ölçemlik yazılmagan dek karayımız ama o şartlarda, o vaxtlarda 1980'li yıllarda bizge acayip ilham bergen kitaplar o. Bizden mi bunda alimlerimiz varken, bizden mi bunda mektaplarımız varken, mesela Gülçin Çandarlıoğlu dediğim bir profesörünün Uygurların tarihteki marif dediğim bir kitabı var. Ben onu okuğa vaktidim ama şunda heyecanlangan. Ama Abdullah Talip'ninkine okuğa vaktimizde bizden yakın zaman tarihimizne kallımızda gevdilendirdi. Onun için bu cihetten elbette eserleri naiti mühim ehemmiyetke. İge Abdullah Talip'ninki Uygur edebiyatına koşkan töpüsü değil mi o diye vaktimizde Uygur hazırki zaman yani hazırki zaman Uygur romancılığının asasını koygan adamlar değişik oldu. Yani o burun yazılgan romanla bugünkü yetip kemgen olsun 80'den bulup 2000 yıldan keyin yazılgan romanlarımız realist romanlar. Yani o şiir ve halk hikayelerinin asası demez. Uygur halkının ahu feryadını eksettiğen, haksızlıkını, adaletsizlikini eksettiğen. Mesela Abdülhalik Uygur bilen bir yere ketke vaxtida tağının ki bağrıda bir etini bağlap koyup o yerde su içken bir menzirini tasvirleydi. O yerde vatanımızdan hakikaten adamını hayacanlandırdığı bir manzara. Yani tağladın sular yıkıvatkan, koylar otlavatkan o güzel manzarını nayeti yakşı canlıq bir şekilde tasvirlegen. Şu 5 maddede ben umumi yani anlatıdığım köp nesi var ama Abdullah Talip'nin töpüsü neymi o diye vaxtıda birincisi roman janrını yani edebiyatta nurgun janrlar var biliyoruz. Roman janrını Uygur edebiyatına kirgizgen kişilerden biri değişik oldu. Yani o romanlardaki o kurgudaydı, o vakalıklar, personajlar, tasvir, emmesi modern yani çağdaş yani zamanevi edebiyatının bütün alayliliğine eksettiğen. Onun için biz buna hazırki zaman Uygur edebiyatına roman janrını kirgizgen kişilerden biri değişik oldu. İkincisi içtimai meselelerini romanları da hikayeleri de eksettiğen, şiirleri de eksettiğen kişi. Bu asas tema ne mi kendisi? Nadallık. Uygurların içinde bugün mü bu nadallık? Bizden beşimiz ne mi kelse şu nadallıktan geldi de oylayayım hemen.
mağripning qalaqlığı, ayallarning huquqi, eksploatasiya, milliy kimlik. Yani biz kim? Yani bizim milliy kimliğimiz. Bu cihette köprek bu temalar haqida yozgan. Bu xalqninki şu milliy şuurni şekillenmesinde, Uyghur milliy kimliğinin tiklenişide rolü zor. Ama Abdullah Talip üç hükümet kögen adam. O bir romanı dedim ama Manço dönemini anlatıyordu. Dadısı, çoğun dadaları şu Manço'nun besim astıda yaşayan. Özü milliyetçi Çinli mi kögen Gomindağ'ını, keyin komünistli mi kögen, Komünist Parti'ni mi kögen. Bizden yakın tarihimizde bizge zulmetken üç hükümetini kögen adam. Şuna alıqı callıq tarix değişki boludu. Yani tarixini özü beşiden ötküzgen mühim kişi. Onun için eserlerde mi asasen şunu ictimai meselelerini oturup koyganlığını küreleyimiz. Üçüncüsü milli kimlik ve tarih şuurunu, yani tarih enini Uygurlar arasında tarih eninin şekillenişi de nait rol oynayan. Yani bugün bunda qarağa vaxtımızda nurgun Uygur tarih hakkında kitaplarını köreleyimiz. Bugün mesela Nebican oturup da Nebican'ın 10 tomluk kitabı bugün Küpü Neşir'den çıktı. Okuyumuz diye vaxtımızda Uygur tarihiyle ilgili Uygurlar yazgan tarihini köreleyimiz. Ama Abdullah Talip o yazgan mezgillerde Uygur tarih doğrusu da kitap yok. O bizge özümüzden milli tarihimizde, ügünüşümüzde, milli kimliğimiz, biz kim? Biz Uygur. Bunun şekillenişi de rolun ayeti çoğun oldu, değişki buludu. Onu mesela Kaynam Örkişi, Lutfullah Mütellib'nin hayatı anlatılgan. İgerlik At, Abdülhalik Uygur, Tevfik, bunlarını anlatkan. Yani burada tarihimizni anlaşımız için önemli. Dördüncüsü til cihetteki alayidligi. Ben til tadqiqatı bilen şoğullanıvatkan boğaçka o Türklergimi Uygurca romanlarını okutumuz. Bu en mühim alayidligiden birisi ammibab buluşu tilininki. Çağatayca onundan keyin ağır Arapça, Farsça sözler naydı az işiltidu. Halk cümleleri mürekkep cümle az. Yani bizim Uygurca'da bazı romanlarını okuğa vaktimiz Türkler hayran kalıdı. Yani yerim bet bir cümlemdi. O bizge tarihte köp tercüme işlerini mi kılgan bir millet biz. Mesela bugün Berlin'de saklanıvatkan 11.000 parça eserinin köpü Budizm, Manizm, başka dinlerinki tekstlerendi. Bugün ben nurgun tercümeler oldu. Bu tercüme yoluyla o Uygurçunun cümle kurulması bozulup ketken çok. Bu halk tili yazıdı. Yani ammibab düşünüşlük kılıp yazgan dördüncünün birinci alaylığı. İkincisi yani hikayeleri de şu günlük canlıq tilde işletildiğin nayeti yaxşı diyaloglar var. Halk tili işletken kısa diyaloglar. Üçüncüsü nayeti ravan, enik, düşünüksüz cümle yok. Vakalar nayeti tiz ilgiligen, tiz bir şekilde bayan kılgan vakalar. Uzun bir vakanı anlatmagan. Tiz bir şekilde anlatkan. Dördüncüsü mesela dikkatimni tatkan neyse makal temsillerine aiticik. Mesela bu kitabına baksanlar ben siz demem mesela astığa. Her makalesi da 4-5 tane makal temsil köreleyimiz. Makal temsilinin ayti callak işletken. Ondan başka bizden klasik edebiyatımızdaki Alişir Navai, Mahmud Kaşgarı, Yusuf Has Hacip'nin hikmetlik sözlerini işletken. Bunun bilen bu kitabınki celp kılarlık gücünü, düşünüşlüğünü takımı aşıgan değişke buludu. Beşinci
5. edebiyatımızga koşkan nimesi. Keyinki yazgıçılarga bir örnek olan değişki buludu. Yani köp eserleri de hem tarihi roman, koşakları da mı halk koşaklarını cık misal kılıp kösetken, keyinki yazgıçılarda mı bunu köreleyimiz. Şuna bence Abdullah Talip başka yazgıçılara bir örnek başlamçılık kılgan değişki buludu. Belki hata oluşu mümkün. Ben üzem nem kılgan izlengenimde bugün geçe Uygurlarda 250 etrafıda roman neşir kılınıptı. Her xil menbelerden nem kılgan. Belki köp oluşu mümkün, 300 oluşu mümkün ama ben tep çıkan 250 etrafıda. Bunun içinden de hılıcıkın o vakti internet yok bizden zamanımızda. Televizyon mu yok hatta. Anam kolumuzdan roman okuyduk. Közen bozulup gitedi senin de romanını elip taşvit etti. Okuma dep. Aynı da okuyduk hem de. Hazırki ballarını oku dep okutanmayımız. Onda oğan degen o romanlarının adam küçük vakti de okugan nemenin tesiri bek çoğun oldu diken. Şuna o Kızıl Ravak'ta çüş olsun. O tıl cihetten bu romanlar isil romanlardı yani. Abdullah Talip'nin mi şu? Cümlelerin ait adli düşünüşlük halıkka nem kılgan. Netice hulaslap ettiği vaxtıda şu 80. yıllardaki tuncu roman yazgan Abdullah Talip başlık, şu Katarlık hemmisini bu yeni Uygur, hazırki zaman Uygur edebiyatının asasını sağuçu ediple değişki buludu. Bula edebiyat ne? Fakatla bir zoklanmak, bir köngül açmak için okuyduğun neyse emez. Bir milli an, bir milli kimlikni şekillendirdiğin bir vasıta aylandığın. Bunun insanlar şiir okuydu ama içimiz bir zoklanış için şiir okuyduk yani. Ama bulandın keyin biz birini okuğa vaktimizde bizden milli kimliğimiz, gururumuz, şuurumuz bulanı bir bunu biz ögünediğin bir vasıta şekli kelde değişki olurdu. En ahırda benim tabi çok kısa bir nemem var. Bu Uygur yazgıçılar cemiyetine ait yakşı faaliyetlerini kılvatıdı. Ben yakından takip kılıp menvatıma. Şimdi bir diaspora Uygur edebiyatı şekillenvatıdı Uygurlarda. Şimdi biz bu muhaciretteki Uygur edebiyatı, muhaciretteki Uygurlar muşnu cık işiltimiz. Hem de muhaciret, hicretten Arapça bildiğin bizden reis yakşı bildi de bu yerde çet küçük etken Uygur hicret kelimesi de muhaciret olgan da muhaciretteki Uygurlar. Şimdi diaspora bir siyasi manamı ifadaleydi. Çok eski Grekçi bir söz bu. Yani bir milletin bir parçasının bir yere ayrılıp gitişi deydiğin bunda bir siyasi mana var bunun da. Şuna Türkler burun özlerine yurt dışındaki Türkler de etti. Dış Türkler de etti. Ötkende Erzincan'dan ait çoğun bir faaliyet ötküzdü ve katlaştım onlarda. Orada Türk diasporası da bir ilişki başladımış Türkiye mi çok. Şuna biz diaspora diyen kelimeni alsak, diaspora Uygur edebiyatı dep koysak, hem diaspora Uygur edebiyatı nimo diye vaktimizde diaspora Uygur edebiyatı bu çetelge çıkan yazgıçılar yazgan eserlerinin yığındısı hemmisini diaspora Uygur edebiyatı deyimiz. Ben biraz topladım bu edebiyatta nimi yazılıp hazır deysek en köp şiir yazılıptı. Köşünü anlatkan ba, seğiniş, sürgün, onundan Uygur milli kimliği, medeniyet, medeniyet miraslar, tılının qoğdap kılınışı, anı tıl, onundaki siyasi besimle keyinki yıllarda Uygur ırkı kırgınçılığı. Bu temilerini yazıptı Uygurlar, yazıvetipti hazır. Nayeti yakşı eserler yazılıvetipti. Diasporadaki Uygur edebiyatı şekillenetipti. Bunun ehemmiyeti nimo diye vaktimizde bu bir adamın fakatlı bir hissiyatını, tuygusunu ifadaleydiğin neyse emez bu. Bu bizden Uygur cemiyetinin bir bütün medeni mirası olup
bundan keyin kaldıgan bir narsa bu. Onun için bunun ehemmiyetine ait bu. Nima qilish lazım degan vaqtda ben bir qancha modda demekçi. Birincisi biz neşriyatçılık. Hazır neşriyatçılığımız bir qiyin ahvolda. Neşriyatlar kurulgan 2016-15 yıllarda nurgun neşriyat kurulgan hazır hemmesi kitapxonlarni itib etyapti. Bir talep yok Uygurlarda. Bunun bazı nurgun sebepleri var. Mesela bugün şu zal tulup gitişi lazımdı. Yani edebiyat muhim bir millet için. Şuna bir neşriyatçılıkını güçlendirişimiz lazım. Biz yazgan edebi eserler mesela Uygurlar bir şiir kitap yazdı. Ona bütün dünyadaki Uygurlar ilgi çıkıp ilişimiz lazım. Bizde o kültür şekillenmepti çok. Mesela Türklerde bir yazgıcı bir şey yazsa ana alsam ikinci kitabının yanına yazıdı o bu deyip belki bir nanның iki nanның pulu nim boludu alay deyip aldığan bir kültür var mı başka milletlerde. Bizde o yokken. Şuna mavi Uygur yazgıçılar cemiyeti olsun, Dünya Uygur Kurultayı olsun, Uygur Akademisi ismini demegen ben nurgun ammavi teşkilatla şu yazgan eserlerini Uygurlara yetkiziş için çıkarışımız lazım. İkincisi dijital yani internet arkalık hazır asallaştı. Mesela internet arkalık edebi eserler yazdığan torbetlerimiz oluşu lazım. Aşağıda şiir yazsak hemmimiz koysak uyaga asta yakşı şiirler talınıp çıkıdı. Bunu çokum kılışımız lazım. Üçüncüsü avazlık kitap. İnternet kitap, avazlık kitap. Yani birisi hazır okuvatıdır. Roman okuvatkallığa var mı mesela anlayma. Ona Yalkor Rozun'un bütün avazlık makallarını anlagandım ben. Bu nəhayət yaxşı bir usul. Hazır oturup adamlar okumaydıken, anlaydıken şu bunu kılışımız lazım. İkincisi tercüme faaliyeti. Bunu güçlendirişimiz lazım. Bizden bir yaxşı tarafımız var. Bütün Uygurlar çeteldekiler 2-3 til bilimiz. Türkiye'dekiler Türkçini yaxşı bildi. Germaniye'dekiler Germançını Arapçı bildiğin nurgun Uygurlar var. Mesela Arapçıdaki eserlerini, bizdeki eserlerini biz yaşavatkan devletlerden tılığı tercüme kılışımız lazım. Mesela Seyfettin Aziz'den Sultan Satuk Burhan degen kitabı 95. yılı Türkiye'de neşir kılıngan, Ocak yayılları degendin. O kitap tunca neşir kılıngan romanı o Türkiye'de. O neşir kılındı. Keyin onundaki Parhat Yılan'ın Kaşgarlı Mahmut degen romanı neşir kılındı. Keyin bu nemeninki Xever Tömür'ün oygangan Baldur oygangan Adem degen romanı menen okuğuçum neşir kıldı onu. Tercüme kıldı. Nurgun şiirler tercüme kılınatıdı. Avrasya Yazarlar Birliği'de hadi profesör hocamız da var burada. Şimdi bunu güçlendirişimiz lazım. Cık kitap çıkarışımız lazım. Bu muyum? İkincisi mesela bir tercüme fonu yani ya da bu edebiyat ve şugullanganlığını ilhamlandırdıgan bir neyse kuruşumuz lazım. Yani bir yerde bir fon olsa o fondan yaxşı hikaye yazgan, yaxşı romanaya yazganlarını rağbetlendirdiğin manda bir işine kılışımız lazım. Yani birisi bu çetelde bekcik biz Uygurlarda kem buluvatkan neyse şu kitap yermenkilleri. Nurgun her yıl yüzlerce yermenki var Türkiye'de. Aşağıda diaspora Uygur edebiyatı yermenkisi de bir bölme elip her yılı şundan katlaşıp kitaplarımızı Türkçe'ye tercüme kılıp, başka tıllara tercüme kılıp o yermenkilerde setişimiz lazım. Yazar şairlerimizini fakat Uygurlarla emez, bu Türklerle tuntuşumuz lazım. Biz Türk milletinin bir parçası, bizim edebiyatımız, tilimiz, bütün dünyadaki aslında Türk dünyası değildi Türkiye'de 30 yılına yakın biz şu Türk dünyasının bir parçası. Bunları anlatışımız lazım. Mesela Azerbaycan'da biz baralaydıgan, biz kitaplarımızda neşir kılalaydıgan devletler var. Bununla ehemmiyet verişimiz lazım. Kitap fuarları bu ammevi teşkilatla bütün ammevi teşkilatla bu bizden şu edebiyatımızı, diaspora Uygur edebiyatımızını kanda kılıp canlandırırız. Bunu mühim bir tema kılıp bundan kim başka turuşumuz gerek deyip oylayma anlığanlığınlar için köp rahmet. Profesör Erkin Ahmet Muallimninki sungan makalası için köpten köp rahmet eytimiz.
Tövende bizninki diasporada yaşavatkan Uyghur modern şeriatininki avantgard vekillerinden biri, rejissor, kiçi tutkun kılınışını kütüş namlı kitabı bilen halkarada nurgulagan mukapatlarga erişken şairimiz, ziyalirimiz Tahir Hamid Efendi bugünkü Abdullah Talip'ninki müşüjiginiga Abdullah Talip ve onun şiirleri doğrusunda namlı bir makal tayarlagan. Sizle öz kemekçidi. Lekin viza alanmaganlık üçün, viza kilemegenlik üçün, katnışanmaganlık üçün makalesini video arkalık evetdi. Şuna Tahir Hamid takımızınki tüvendik makalesini videosu huzurunlarda boludu. Assalamu alaikum. Abdullah Talip tavallutunun 100 yıllık münasebeti bilen ötküzülgen bu ilmi muhakeme yığının katnaşkan barlık dostlar, saptaşlar, kırımdaşlar. Hemminglarga men Tahir Hamid izgilden otluq salam. Aslida men bu yığınga naq maydonning qatnashishini o'ylagan, ammo rasmiyatlar bitmagachga berish imkoniyati bo'lmay qoldi. Shunga men bugun bu muhokama yig'iniga sunadigan o'zimning bir parcha maqolamning qisqacha mazmunini mush video orqali sizlarning huzuringizga taqdim etmoqchi. Bu maqolaning mavzusi Abdullah Talip ruboiylaridagi ilm va ma'rifat. Bu maqolada asosliqi Abdullah Talipning Yıllar ve Aqida namlı şiirler toplamidagi ruboiylar haqida to'xtalamiz. Bu to'plamga kirgizilgan ma'rifat haqida degan mavzu ostidagi 151 parcha ruboiyga nazar solganda biz faqat bu ruboiylardagi ma'rifatdan iborat bir mavzunla emas, balki butkul Uyg'ur adabiyotida, bo'libmi milliy uyg'unish tarixida nihoyat muhim o'rin tutib kelgan bir bosh temani ko'ramiz. Ma'rifat orqali nijotlikka erishishdan iborat bu bosh tema Uyghur milliy fikr iqimining asosli tashabbuslaridan biri bo'lib kelgan. Butkul Uyg'ur ideya tarixini varaqlaganda bizga yetib kelgan bilim ma'rifat haqidagi eng burunqi she'r qo'shoqlarni biz Mahmud Qashqariyning Turkiy tillar divanida uchirtimiz. Bilig arig azgu tutib so'zini ishit, arzamni o'girani pan ishqa so'ra. Ya'ni tarjimasi bilimlik odamni izzatlab so'zini ishit, Pəziltin ögünüp işqa aşur. Bilgi eren savların algıl ügüt, əzgü savıq əzləsə özgə sınар. Yani bilimlik adamlarının sözlerden nəsiyyət al, yaxşı söz təsir qılsa qalbki sınар. Endi bunda quşaqlar yani şu dəvirdeki turpan tekistlerden uçuraydı. Bilik bilim, ya bəgim, bilik sana aş bulur. Bilik bilgen ul erge bir gün dövlət tuş bulur. Yani tercümesi bilim ügünün əybigim, bilim sizge hemra buludu, bilim ügengen erge dövlet ahir yar buludu. Bilik bilinge taş kursanız kaş bulur, bilik siznin yanıga altın koysa taş bulur. Yani bilimlik erinin bilige kıstırvagan teşi kaş teşi aylanıdı, bilim sizdeki altın taş aylanıp gididu. Bu kuşaklardan ecdatlarımızın ilim mərifətke qançilik əhmiyyət bəgəllikini görüvağılı buludu. Bəxt elib gəlgüçü bilim mənisidəki qutaqdıqbilik haqqında artıq toxtuluşunun hacid olması gerek. Bu şahane əsərdə Yusuf Xas Hacib bilimlik buluşunu bəxtlik yaşaşının aldınqı şərti deb qaragan. Şərqi Türkistanda Manju istilasından keyin uzun sozulgan məhkumluq bizni ilim mərifətdən yıraqdı qoydu. Biz özümüzni və dünyanı oylanışdan məhrum qaldıq. Hatta özümüzni tunuş və dünyanı bilişmi bizge nisip olmadı. Dünyanın bir muncha joylardagi kishilar fan texnikaga tayinib zamonaviy hayotning ishkini chekayotgan 20 asrning boshlarida Uyg'urlar o'zining eng qorong'u davrini yashayotdi. Uyg'ur milliy uyg'onishining tunji qadami ma'rif bilan boshlangan. Allaqachon mustamlika millatga aylanib qolgan Uyg'urlarning barmoq bilan sanig'ili bo'g'idek darajada oz bo'lgan sarxillari ilm ma'rifat orqali millatni uyg'otishdan boshqa yo'l yo'q ekanligini tunib yetgan. Ular maktab solgan, gezit chiqargan, she'r yozgan. Istigim o'qish, o'qidi ochdi, biz maktab bolalari bilim ishqida ma'rifat izla deganga o'xshash hammaga yod bo'lib ketgan she'rlar yolg'iz adabiy asar bo'lib qolmay, balki millatni uyg'otishning signali va xitobnomasi edi. Ashu oqartishning turtkisida millatning sarxillari ikki qatimliq Sharqiy Turkiston Cumhuriyetini qurishga muvaffaq bo'la oldi. Ammo cho'ng kishilar orasidagi kuchsizlikka fursatni qochirib qo'ygan talaysizlik qo'shilib, hokimiyatni qo'limizda tutib turolmadik.
Mustamlika ostidagi hayotimiz yana davomlashdi. Ammo bir qism Uyg'ur sarxillarining millatni qudrat topqizish va fursat kelganda milliy mustaqillikni qayta qo'lga olish umidi texi o'chmagan edi. Buning birdan-bir yo'li go'yo ilm ma'rifat o'rganish edi. Albatta, ilm ma'rifat o'rganish o'z navbatida yana bir insonning o'z taqdirini o'zgartishi va insonlik qadr-qimmati bilan yashashi uchunmi eng unumli yo'l edi. Mushu nuqtani to'nib yetganda biz Uyg'ur shoirlarining ilm ma'rifat temasida nima uchun shu qadar ko'p ajr qilganligini tushuna olamiz. Shunga Uyg'ur she'riyatida ilm ma'rifat temasi bir odatlik tema emas, balki milliy mavjudlikning sharti sifatida o'ttirg'i chiqadi. Abdullah Talib ana shu tema haqida ko'plagan asarlarni yozgan hamda ma'rif tadqiqoti bilan shug'ullangan Uyg'ur adablarining biridir. 20-asrning 80-yillardagi ziyolilar tarixdagi echinishli qismatlarni va tragediyalik mag'lubiyatlarni nodonlik va bilimsizlikka bog'lagan. Madaniyat inqilobining keyingi nisbatan erkin muhit ularga bu temada erkin ozoda qalam tavirtish imkoniyati yaratib bergan. Abdullah Talib shu mezgillarda o'z ijodiyatining oltin davrini kutib olgan. U ilm ma'rifat haqida ko'plagan she'rlarni yozgan. Biz uning Yillar va aqida nomli she'rlar to'plamiga kirgizilgan ma'rifat haqida degan mavzu ostidagi ruboiylar qarab boqayli. Elektr nuridan qasrimiz yo'q, ma'rifat nuridan qalbimiz yo'q. Ilm-fan texnika misoli quyosh, bilimsiz qolganlar tortidi xo'rliq. Jur'atlik bir o'smir tashladi savol. Istiqbol nimidu dabbagina chol. Men dedim javoban uningga shu an, istiqbol ma'rifat, o'qu, bilim ol. Bilim kuch, bilimga har joyda bor to'r. Aynadan yig'lasang o'zing dilli ko'r. Bilimning kuchiga bosh egar osmon, qaysini tanlaysan, ma'rifatmi go'r. Maxluqdan farqimiz muhabbat bilan, farqimiz ilm-fan ma'rifat bilan. Ey avlod berilma aysh ishratga, ilm-fan uchmoqda tez sur'at bilan. Bu ruboiylarda nodonlikning xorliq elib bordiganligini, odam o'zining istiqbolini bilim orqali yaratadiganligini hamda bilim o'rganish orqali zamonga loyiq odam bo'lishning zo'rligini o'tirib qo'ygan. Hozir bizga bu gaplarni ayt oddiy, ko'na va ahamiyatsiz pandi nasihatlardek tuyulishi mumkin. Ammo ayni chog'larda Uyg'ur ziyolilari millatni nodonlikdan qutuldirish uchun bu gaplarni takror deyishning zo'rligini cho'nqur to'nib yetgan. Ular adabiy asarni estetik zo'q beradigan mahsulot sifatida emas, balki ijtimoiy mas'uliyatni joriy qildiradigan vosita sifatida ko'rgan. Abdullah Talibga o'xshash adiblar millatning qudrat tepishi sirtdan emas, balki o'zining ichki ma'rifat asosidan boshlanishi kerak deb qaragan. U o'z ruboiylarida dunyoning taraqqiyoti bilan millatning holatini selishtirdi. Uning tasvirlarida jahon fan texniki bilan ko'k uchayotgan bir paytda nodonlik Uyg'urning putiga selingan bir kishan edi. Shunga uning ruboiylarida ma'rifatchilik milliy g'ururni tirildirish va dunyo bilan tang qadam besishning birdan bir ochqichi sifatida tashabbus qilingan. Bu nuqta uning ma'rifga oid ilmiy asarlaridagi logikalik fikr bilan ushbu ruboiylardagi hissiy bayonning kesishgan nuqtasidir. Abdullah Talib bir ziyolining o'z xalqi oldidagi mas'uliyatini ma'rifat tarqitish, nodonlikqa jang e'lon qilish deb qaragan. Abdur yoki uningdan burungi shoirlarning she'rlariga qaraydigan bo'lsak, buning bir tarixiy izchillik ekanligini ko'ramiz. Ya'ni 20-asrning beshidagi jadidchilik ruhi, ya'ni ma'rifatchilik ruhi 80-yillardagi Abdullah Talib qatorliq bir turkum shoirlarning qalamida yangicha kuch bilan davomlashgan. Abdullah Talibning bu ruboiyalarining tili sodda, lekin salmoq. U murakkab simvollardan ko'ra xalqchil bo'lgan tasvirlarni ko'p ishlatgan. U bilimni nur, chiroq, buloq, mevilik daraxt qatorliq narsalarga o'xshatgan. Bu xil obrazlik tafakkur shoirning fikrlarining oddiy o'qirmanlardan tortib yuqori qatlam ziyolilargacha singib kirishiga turtki bo'lgan. Chunki ommaboplik dal milliy adabiyotning eng muhim aloyiliklarining biridir. Abdullah Talibning Yillar va aqida to'plami bir davrning ovozidir. Bu to'plamdagi ruboiylarda aks etgan ma'rifatparvarlik ideyasi 80-yillardagi Uyg'ur ziyolilarining eng o'rtaq va eng kuchli orzusini ifodalab bergan. Shoir bizga shuni eskartdiki, yillar o'tib ketadi.
Ama bilim ve marifet üstüge kurulgan akide mengülüktür. Bu toplam bugünmü bizge milletinin mavcutluğu ve terakkiyatının asasi gücünün yanılı bilimde ekanligini, bizning marifet arqılık özümüzni qutquzuş musafimizning texi ahirlaşmaganligini eskertip turmakta. Hammanglarga rahmat. Tahir Ahmet Efendi'ninki avaz kelatıdı. Tahir Ahmet Efendi'ninki videosu için köp rahmet etimiz. Hürmetli inahli Abdullah Talip Uygurlarınki münevver bir perzenti, şair, yazgıcı. Uzun yıl mağrip hizmetinde hizmet kıygan bir pedagog. Bugünkü makale okuyduğlarınki köpüncüsü Nebi Hakam'dan başka asasen Abdullah Talip'ninki şu bedi ve edebi tarafdaki alayidligini tutku kılıp sözlügen boğaçka. Abdullah Talip'nin fakat kemkas bulmaylığa yeni bir tarafi mağrip tarih hakkındaki semerlik emgekleri için hemen bir team tayarlagan. Növbette o zorunlarda hem de özem ilan kıldıgan buldum. Hemen Uygur Mağrip Tarihi ve Abdullah Talip degan temada özemninki tayarlagan makalemiz zorunlağı sunumu. Endi bir ma'rifninki moyimliqninki bir milletninki iqtisadi, ma'naviy, siyosiy hayotida qanchalik bir muhim o'rin turganligini bu yerda ta'kidlab turishninki faqat o'rin yo'q deb o'ylayman. Bir millet uchun ma'rifninki qanchalik muhimligini bir besilingan, işgaliyet kılıngan, özününki hech qanday askeri, siyasi, iqtisadi kuchi bo'lmagan Polshalikning faqat ma'rif ve kutubxonasiga tayinib turib davlat qurganligidan, Ikkinchi Dünya urushida yer bilan yakson bo'lgan Germaniya ve Yaponiyaga o'xshash davlatlarninki faqat ma'rif orqali ve ma'rif sistemisi, ma'rif endisi orqali bugungi dunyodagi eng qudratli siyosiy, iqtisodiy ve sanoat davlatlariga aylanganligidan bujnajallik misollardan bu nuqtalarni nihoyatda ro'shan his qila olamiz. Xitoy bizning vatanda har xil atalg'ular bilan bizni izchil ayirib, kamsitib, kichikirtib bizningki ma'naviyatimizni, ruhiyatimizni, siyosiy, ijtimoiy kollektiv kuchlarimizni ajratishga urinib keldi, bu bir haqiqat. Lekin mushlarning ichida bizga qo'ygan atalg'ularning ichida bizga yarashirgan bir atalg'u bor. Bu milliy degan atalg'uning ichida faqat bu milliy degan so'zning ma'nosida yarashirgan bir taraf bor. U o'simi şu milliy ma'rif. Masalan Turkiyaning ma'rif ministerligini bilsizlar, Milliy eğitim bakanlığı deb ataydi. Bu milliy ma'rif degan so'z Uyg'ur ma'rifi degan so'z. Bu Uyg'urga xos ma'rif degan so'z. Agar bir millat o'zininki bir milliy ma'rifiga ega bo'lgan bo'lsa, bu bir millatninki milliy ma'rif ega ekanligi, u millatninki o'zininki til yazıqi bor deganligi, o'ziga xos ma'rifi bor deganligi, o'ziga xos ideologiyasi bor deganligi, o'ziga xos o'quv-o'qitish sistemisi, o'quv-o'qitish tarixi ve şu evlatlarni yetiştirgen bir jarayoni bor deganlik. Şunlaşqa Uyg'urlarninki ma'rif tarixi qandaqdir Uyg'urlarninki yolg'iz bir o'quv-o'qitish, ta'lim-tarbiya sistemi islam emas. Bir bütün Uyg'ur milletininki aqliy taraqqiyot jarayonining bir xulosasi. Chunki bir millatninki milliy madaniyatini, ideologiyasini, şu milletninki ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy hayotini ko'rinishga asarlarni yozgan barliq insonlar, mutafakkirlar, tadqiqotchilar, faylasuflar, adiblar, shoirlar, tarixchilarning hammasi chunki bir ma'rifda yetishib chiqqan, bir ma'rifni qabul qilgan. Ular şu milletning ma'rifini qabul qilgan bo'lg'achqa, şu milletninki til yazgir asar yozib, şu milletning madaniyatini, ijtimoiy ideologiyasini, tarixini, falsafasini, edebiyotini, she'riyatini, tibobatini, hatto muzik san'atigacha qoldirib qo'ygan. Bir bütün Uyg'ur jamiyatininki aqliy taraqqiyot xotirasi. Masalan, biz ismini biladigan eng shu bizning diyorimizda yashagan Komrajevadan tatib bugünkü devrga bo'lgan bütün olimlarning ish harakati, yozgan asarlari, yozilgan mayli qaysi temada bo'lishidan qat'iy nazar yozilgan barliq vasiqalarga, qoldirilgan qo'lyozmalarga, yetishib chiqqan olimlarga qaraydigan bo'lsak, ularning asarlari bizningki milliy madaniyat xazinamizdagi boyliq aylanish uchun eng avval
bizning bir ma'rifimizning elgikidan, ma'rifimizningki tarbiyalashdan o'tgan bo'lishi kerak. Bu oldingi shart. Şunlaşqa bizningki milliy ma'rifimiz, mundaqcha aytganda Uyg'ur ma'rifi, Uyg'urlarningki faqat va faqat madaniyat emas, bir butun siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniyat hayotida intayin muhim bir o'rinda turadi. Endi bir millatningki milliy ma'rifi o millatningki bilim, madaniyat miroslarini aks ettirdi. Mesela hazırlık yazılan tıbabetlik eserler, Farabi'nin eserleri, Mahmud Kaşgar'ın eserleri, Yusuf Asacib'nin, Ahmet Yüknaki'nin, Elçir Navai, Yusuf Sekkaki, Lutfi, Tecelli Hazretlerinden tatip, şu oğuşku mukam tekstlerden, müziklerden, tavarihi, muskillerden, hatta bizim efsane rivayetler tolgan, yazma edebiyatlarımızga, tercüme eserlerimizga çıkarsak, bularning hemmisi şu bizdinki milliy ma'rifimizdinki tarbiyalash natijasida va shu tarbiyalangan insonlar tarafida yozilgan bir jarayon. İkincisi bu bir milliy ma'rif degan bir millatningki milliy kimligining bir nishonasi va milliy ruhni urg'utadi. Biz aqlliq ajdodlarimizdan faxrlangan vaqtda, Uyg'urligimizdan faxrlangan vaqtda biz ularningki uzoq siyosiy o'tmishimizdan, parlaq bo'lgan madaniyat siyosiy hayotimizdan, naiti mol ve bay olan medeni kimliklerimizden, özümüzdeki bay boğan edebiyat, sanat, ilimlerimizden ulardan faxrlanamiz. Şulan yaratgan, yazıp kaldığan ecdatlarımızdan faxrlanamiz. Mana şulan yazıp kaldığan ecdatlarımız naq şu devirdeki emeliyatta ma'rifimizdeki mahsulu. Yani birisi bir milletninki milliy ma'rifi şu milletin şu devirdeki taraqqiyot jarayonini ve taraqqiyot rolunu tushuntirib turadi. Her qanday bir milletninki medeni hayatı, ma'rifi şu devrdeki şu milletninki siyasi müstakilliği, iqtisodiy farovonligi, medeni ve ijtimoiy hayotinin qanchalik kuchlikligi bilan har qachon o'ng tanasib bo'ladi. Masalan, bizning eng parlaq dönemlariga qaraydigan bo'lsak, Qarxoniylar davri, Qo'chi Uyutqut davrida bizning eng zo'r madaniyat miroslarimiz mushu davrda barliq keldi. Undan keyingi ikkinchi gullanish Saidiya xonadonliklari davrida Elchir Navoiylar bir davr keldi. Bizningki meyli ma'rifimiz olsun, meyli ideologiyamiz olsun, meyli milliy ro'yitimizning cho'kishi olsun, yoki siyosiy taqdirimizning fojialarning olsun, hemmisinin çöküşü başlayan devri olsa 1788'lerden başlandı. Yani Abbaqojninki qaldandan başlap kelip Sharq Turkistondan ibaret bu zaminni bir mustamlik zaminga aylandırıp qo'yishdan başlandı. Yani bundan başlap bizninki ma'rifimiz, siyosiy kulpitimiz, ijtimoiy fojialarimiz ve bizninki edebiyat, san'at, madaniyat, til, taraqqiyot bütün aletlarimizningki tushkunlikka, turg'unlikqa qarshi mushu siyosiy bequvullikqa homildor. Şunlaşqa ma'rif öz növbətində şu dövrninki ictimai, iqtisadi və siyasi taraqqiyotni düşünüşümüzdə nəhayət zor bir rol oynaydı. Onundan keyin uzaq bir jarayon şəkillənən bir milliy ma'rif şu milletninki ideologiyasi, diniy e'tiqodi, jamiyatga, tabiatga, hayotga bo'lgan şu milletninki moslashish iqtidori va uni ilib borgan kurashlar jarayoni şəkillənən bo'lğachqa u kelgüsü şekillendiren ya ki kelgüsüdeki ma'rifning istiqbolini ve o ma'rifning qandaq bir ma'rif bo'lish kerakligidan iborat shart-sharoitini o'ziga hozirlagan bo'ladi. Shunlashqa bir millatningki milliy ma'rifi, ma'rif tarixi intayin muhim. Endi Uyg'urlarning mushunchalik zo'r bir madaniy hayoti Abdullah Talib 1982 yılı Uyghur Ma'rif Tarihi Oçirki degan bir parça oçirkini yazışdan burun dün kömtürülüp koygan Qaran Qazanның içidegidek mevhum bir halet deydi. Endi men bu temak tayyorlik qilish jarayonida Abdullah Talibning ro'yiga nurg'un qatim rahmat aytdim. Chunki bu Uyg'urlarning yetim bir sohasi ekan. Uyg'urlar o'zining milliy ma'rifini shakllantiribdi, milliy ideologiyasini shakllantiribdi, milliy madaniyat xazinasini beyitibdi, tibobati bilan, san'ati bilan, kitobchilik madaniyati bilan, tarjimchilik madaniyati bilan, al-nag'ma madaniyati bilan, teatr madaniyati bilan, o'yla aram, qo'lim qo'shnidochilik, bütün madaniyatlar bilan Uyg'urlarning milliy ideologiyasini, Uyg'urlarning ruhiyatini hamma tarafni beyitib kelibdi. Lekin mushundaq bir beytilgan zo'r bir sistema
hech qanday bir qalamkash tarafidan qalamga ilinmabdi. Agar Uyg'ur ma'rif tarixi yozilmagan bo'lsa, Uyg'ur ma'rif tarixi yozilmagan bo'lsa Abdulla Talib tarafidan Uyg'urlarningki madaniyat xazinasidagi intayin cho'ng zo'r bir bo'shliq yetim qoladigan. Men shuning uchun ruhiga necha qatim Fatiha o'qidim. Uyg'ur tarixida o'chiriklar 1982 yozilgandan keyin, undan keyin 84 yoki 80 bo'lish, 85 bo'lish kerak. Uyg'ur ma'rif tarixi degan Uyg'ur ma'rif tarixi o'chiriklarningki to'liqlamasi va kengaytirilgan sifatida yozib chiqibdi. Bugun biz 40 yil burun yozilgan bir kitob haqida so'z qilyapmiz. Mush 40 yil jarayonida mushunchalar zo'r bir soha haqida Abdulla Talibdan boshqa Abdulla Talibning Uyg'ur ma'rif tarixidan o'chiriklar va Uyg'ur ma'rif tarixidan boshqa yozilgan Uyg'ur ma'rif tarixida faqat bir parcha kitob bor. 1989-yili Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyati tarafidan nashr qilingan Mirzamning Uyg'ur edebiyot Uyg'ur ma'rif tarixidagi o'chmas yulduzlar degan bir kitobi. Ben bu kitobni varaqladim. Abdulla Talibning kitoblarini o'qib bo'lgandan keyin bu kitobni varaqladim. Tayyorlik qilish bosqichida burun ko'zimdan qochgan bir kitob ekan. Burun o'qimaganimga o'kindim. Albatta kitobni o'qish jarayonida kirish so'zini o'qiymiz. Kirish so'zida shundoq bir bayon, shundoq bir jumla mening alayda diqqatimni tortdi. Mirazam kitobni nashr tayyorlash, yozish jarayonidagi kirish so'zda shundoq bir jumla aytibdi. Mening bu kitobni yozishimga Abdulla Talibning Uyg'ur ma'rif tarixidan o'chiriklar va Uyg'ur ma'rif tarixi degan kitob hem material hem ma'naviy jihatdan zo'r asos bo'ldi. Agar bu kitob bo'lmagan bo'lsa, men bu kitobni yozib chiqolmaydim degan bir jumla qistiribdi. Ya'ni o'zidan keyingi chiqqan kitobmi bu kitob material sifatida asos bo'lgan. Biz bugun 40 yildan keyin so'zlayotgan bizningki ma'rifimiz 80-yillarning oxiri, 90-yillarda, 2000-yillarda nisbiy taraqqiy qildi. Azroq bo'lsin bir tinilish fursatiga erishdi. Lekin o'sha 40 yillik jarayondami Uyg'ur ma'rif tarixi o'chirki va Uyg'ur ma'rif tarixi va Uyg'ur ma'rif tarixidagi o'chmas yulduzlardan boshqa nashr qilingan Uyg'ur ma'rif tarixiga oid bir parcha kitob yo'q. Bizningki miros, buloq, Şinjan tarixiy materiallari bunun için herkes üniversitelerinin ilmi jurnallarda e'lon qilingan ma'rifga oid keyingi davrlar Yalqurozning yozgan ma'rif tarixiga oid bir qism maqolalar bor ekan. Bularni asoz ko'zga aytgan varaqlagan bo'ldik. Lekin bular asosan ilm ma'rifi, kucha ma'rifi, to'qsin ma'rifi, Qashqar ko'nisha ma'rifi, Qashqar ma'rifining shakllanishi, u maktabning qurilishi qatorliq faqat shu kichik naydiki, rayondagi yoki bir naya yoki bir yiza yoki bir shahardagi bir boshlang'ichning yoki bir maktabniki qurilish haqida yozilgan maqolalar. Lekin bir butun Uyg'ur ma'rif tarixida yozilgan Abdulla Talibdan boshqa bir so'nggilik umurtliq hozirgacha bir asar yo'q. Biz bugun kunda Abayatın Erkin Ma'lumnat yaxshi bir tema ustida to'xtaldi. Balkim o kitobni bugun biz ko'rsak yetarsiz his qilishimiz mumkin. Biz bugun 21-asrning 20-yillarda uchur, taraqqiyot va har qanday bir manbaga erishish imkoniyati intayin keng bir davrda yashab turib, buni so'zlashmak oson. Lekin 20-asrning 80-yillarda o'zining siyosiy huquqidan ayrilgan, ijodiyat berish imkoniyatidan mahrum qilingan, bir asrdek dunko'mtirilgan qozondek butun dunyodan tashqi aloqasini uzutilgan, manbaga erish intayin kam bo'lgan va hatto o'zining qo'lidagi manbalarni saqlab qolish qiyin bo'lgan madaniyat zo'r inqilobdek davrni kechirgan bir odamlarningki 80-yillarda shundoq cheklik imkoniyat ve çeklik manba bilan mushu vaqtcha bizda to'liqlab yozish ulgurmagan bir asarni yozishi haqiqatan taqdirlashga arziydigan bir taraf. Chunki biz bugungi imkoniyatlarimiz bilan shuni taq biz yozib chiqolmadik, yozolmadik yoki yozilmabdi. Bu ham demaylan va diasporadagi butun bir aqli o'yg'oq sagak Uyg'ur ziyolilarining jiddiy o'ylashadigan bir tema ekan. Endi Uyg'ur ma'rifininki Uyg'ur ma'rif tarixi Muşundaq zo'r bir boşluqni to'ldirish jarayonida mundaq bir qancha bir alayidlik ega. Hamda mening iskan nuqtam. Birinchisi, hamda Uyg'ur ma'rifininki Uyg'ur ma'rif tarixida muallim va ma'rif tarixining dunyoda emas, faqat
Uyghur demez, dünyada muallim ve mağrib tarihinin kandak başlanğanlıqdan tatip 1949 yılı bolğan Şarkı Türkistan'daki mağrib tarihini asasen küçüğüne yetişçe bir zincirge ulap yazıp. Bu mənim şu devrige nispeten asa emas. Nurgulluğan ilmi, statistiklik, sallıq məlumatlı var bununda. Aristotel'den, Sokrat'ten ve oğuldan avval başlanğan bir təlim tərbiyeninki dünyada kandak kanat yaydı. Bulardan tatip, hatta şu 900 neçincileri bizden vətən gələn Xitay casus ve seyyah Wang Yende'ninki sayat hatırnaması var. Bu Türk tarix kurumunda neşir kılınған Wang Yende'nin Uygur el sayatnamesi bir parça kitap var. Şu devirde Xitay casusu Wang Yende'ninki bizninki vətənge berip kılgan seyyahları ve şu jarayanda İdukut'ta yani Turpan'da köygen bu yerdeki kesbi xadimleşken muallimler barken kesbileşken muallimler barken, mektepler barken, bularning til yazıqı barken, bular til yazıqını fakat gündelik işler için emas. Okutuş, ta'lim terbiye, şiiriyet ve tibabet ve şunun o'xshash nurg'unlagan diniy soatlarni ishlatilgan degan bayonlardan tatib mushunday uçurib bilgan. İkincisi Abdullah Talib'ninki bu Uyghur ma'rif tarixida nihoyatda bir yuksak bo'lgan bir ilmiylik ega. Tarix ilmiylik ega. Hech qanday bir gapni o'zi uydurib chiqargan emas. Har asarlarining asosan qaysi asarlardan ilingan bir manbalar bor. Masalan, Marco Polo'ning sayohatnomalarida Marco Polo'ning Uyg'ur eliga borganda nihoyat keng salangan, keng bo'lgan oliy o'qish bilim yurtlarining bo'lganligiga qadar eskartishlar bor. Endi Uyg'urlarning ma'rif tarixida yana bir taraf aynı devirdeki nurgulgan, medresleşken ali bilim yurtları hakkında naiti tefsili yaxşı toxtulgan. Mesela Uygurlar 952-53 İslamlı Sultan Buraxan'ınki vasıflan kubul kılıngan dep qarladı bugünkü tədqiqatlarda. 958'den 65 yıl bolğan devirde kurulgan dep tahmin kılınıp atkan. Mesela Kaşgar'da kurulgan Saciye Medresesi. Ondan keyin bevasitə Mahmud Kaşgarı özü yetişken, hazırki Kaşgar'ın devlet vaxtında kurulgan Hamidiye Medresesi, Karxaniler devirde kurulgan. Ondan keyin Mahmud Kaşgarı Türkler Divanı Bağdat yazıp, armağan kılgandan keyin vatan qaytib ketib, özü kurup, özü 8 yıl müderrislik qilgan Medrese-i Mahmudiye qatarlıq medreselerinin kuruluş ahvali ve üyadi kimlerninki müderrislik qilganligi. Hatta Mahmud Kaşgar'ın özünün bu mening ustazım degan Hüseyin İbn Xalifninki aynı devrdeki Hamidiye Üniversitesi yani devlet üniversitesi okutquchilik qilganligiga ait bayonlar. Şu devrdeki muhim ilim pirlaridan ustozlardan, okutquchilardan yana Hüseyin Cemal Qarshi, Yakup Hoca, Mahmud Kaşgar ustazım degan İbn Hüseyin Xalif qatarlıq mushundaq müderrislarning Qarxanilar davrininki ilmiy hayotida zo'r muhim rol o'ynaganligidek mushundaq bayonlar bor. Mahmud Kaşgardek, Yusuf Asajibdek, Ahmet Yuknakidek bundaq 1000 yildan beri bizningki madaniyat tariximizga chiroq yoqayotgan bundaq olimlarning, adiblarninki qisqagina bir vaqtda yoki bo'lmasa undaq muderris muntizim ta'lim tarbiya ko'rmay, muntizim bir ma'rif sistemi shakllanmay turib yetishib qolishi albatta mumkin emas. Undan keyin bo'lsa, yana 1255-yili Qashqarda qurilgan, hozirgacha men hech bir tarixiy manbalar uchrab boqmabdigan Medrese-i Maqsudiya, ya'ni Maqsud Beyning qurgan bir medresa haqida nihoyat tafsiliy bir bayon bor. Bu Maqsudiya medreseleri keyincha Yusuf Sekkaki, Abeydullah Lutfidek mushundaq so'z ustalarini, mushundaq ilm ahlilarini tarbiyalashga yetishgan nihoyat muhim bir medreselarga. Undan keyin Saqiya medreseleri 1522-yilda qurilgan. Mushu medreselar haqida nurg'ulg'an tarixiy ma'lumotlar bor. Undan keyin yana hayron qolarlik bir ish bizningki kesbileşken nurgulgan kesbileşken mekteplerimiz barken. Mesela Seydiye Xandallığı devirde Sultan Seyyid Xan'ın teşebbüsü ile kurulgan Sipahiye, Hududiye yani Sipahiye herbi kesbi mektep, Sipahiye tibbi mektep, ondan keyin Hududiye bu məxsus çigra ilmi yürütülgan mektep.
Onundaki yana bir mektep var. Bu mektep Ayne-i İsparat. Ayne-i İsparat bu məxsus elçiler eyniki mektebi. Yani şu devirde məxsus elçi terbiyeleydiğen. Yani bugünkü hesapta bugünkü şu elçilerini bir memleketten taşkı işlerini terbiyeleydiğen bu şunda kesbileşken mekteplerimiz var ki. Endi bu Uygurlarning şu devirdeki ma'rifininki qanchalik derecede ilg'orligini ko'rsatib turgan bir nokta. Endi bizningki ko'z oldimizga uchraydigan ma'lumotlar Uyghur edebiyot tarixidagi ba'zi madrasalarning ismi bayatinki biz tanigan Medrese Mahmudiya, Saciya, Saqiya, undan tavarikli Muskuyundagi ba'zi muzikantlarning hatta Halab, Sham müşiratlardan Qashqarga geçip berip müzik saz öğrengenliğe ait bayallar bu daim uçuraydigan bayallar. Lekin bu elingan sipahiya, şipahiya, hududiya qatarlıq bu kesbileşken mekteplerine bağlılıqını biz Uyghur ma'rif tarixini bildik. Bu bizden şu devirdeki ictimai, iqtisadi, siyasi ve medeni hayatımızda qanchalik zor rol oynaydiganligini bildirdim. Men nima uchun bugünkü Abdullah Talib haqida bo'linayotgan bir yig'inda ma'rif haqida ko'proq so'zlayman bu ma'rif tarixinin, Uyghur ma'rif tarixinin Uygurlarninki siyasi, iqtisadi, ijtimoiy ve ideologiya sahasida qanchalik muhim o'rinda turganligini ve qanchalik bir muhim o'rinda turgan shunday bir xizmatni kimninki yezib bizga miros qoldirganligini bilgan vaqtda mencha bu yerda Abdullah Talibning haqiqiy qimmati bu nuqtadan taqim ro'shan his qilinadi deb o'ylayman. Shunlashqa meningki bugun Abdullah Talibning shaxsiy hayoti, tug'ilgan yurtda yozilgan asarlardan bekrak bu muhim bir tarafi taqimi bir to'linish kerak. Undan keyingi jadidchilik kichi bo'lgan hatta 1949 kichi bo'lgan bizningki ma'rif tariximizda bo'lib 33 ning oldi keyini ve 35 yilda Toshkent chiqarilgan tunji 34-35 yilda Toshkent chiqarilgan 300 o'quvchi ya'ni toshkentchilar Shingsey bilan Xo'janazarchi kelishimida tunji turkimiz Sovetga chiqqan o Toshkentchilar deb atalgan bizningki ilm ahli ziyolilarimiz va keyin vatan qaytib xizmat qilgan bizningki keyingi davrdagi uyg'onish va milliy mustaqilligimizning asoschilari ve 45'ten keyingi Uygurlarning milliy ma'rif haqida Abdullah Talib nəhayət dadil qələm təvrətgan. Hem de bu 1982 yılının şəraitida taq mədəniyyət zor inqilabını yenidən 5'ten köçürüb Xitayninki rejimləri astida bularni yezish nəhayət güclük bir vətənpərvərlik ruh, milli məsuliyyət duyğusu və kelgusi evlatlarga bo'lgan bir mayaklıq, bir çıraq yaqıb bir rolunu oynaydı. Ondan başqa yana eng muhim töhfələrdən biri Abdullah Talib Uyghur cemiyetinde tuncu olab ma'rif seliştirmişşunaslık deyilgan bir çıgır yolunu açkan bir adamki. Yalğız ma'rif tarixini yazgan emas, yani bir seliştirme ma'rifşunaslıknınki barlıq keltibіз. Eyni devirdeki Uyghur ma'rifini ve 33-44'deki Uyghur ma'rifini ve 1982 bo'lgan Uyghur ma'rifini öz devirdeki başka milletlerinin, başka ellerinin, başka milletlerninki ma'rif bilen seliştirip bizdeki ma'rif şu devirde qandaq bir seviyede idi. Keyin qandaq bir seviyeye uçup kaldı. Burunqu ma'riflarimizningki ideologiyasi qandaq edi. Keyin qandaq uçup kaldı. Bularni seliştirgan bir edim. Mesela Qarxanilar devridan tatib bo'lgan bizningki medresa hayotimizdagi darsliklar qarsak, darsliklarda mesela grammatika, til, ilmiy mantiq, ilmiy nujum, hisob, geometriya, edebiyot, tibobat, astronomiya, hududiya yani bu çigra ilimlerden tatip coğrafya ilimlerigacha hammasına ait mol bo'lgan bir ders. Qarxanilar devrida qurilgan tarixiy Hamidiyaning darslarida shunday bir darslik bilan diqqatimni tortdi. Ilmi ruh ilmi. Balkim bu ruh ilmida ortqini bugungi bizningki g'arb ma'rifidan kelgan 20 asrning boshlarida boshlangan, burun hatto g'arb ma'rifida mı bo'lmagan balkim psixologiya darsi shu bo'lishi mumkin. Ilmi ruh, yani insanın ruhini tadqiq qilgan. Agar ilmi ruhdek shunday bir darsliklar ta'sis qilinmagan bo'lsa, balkim Farabidek insanın ruhiga cho'kkan, insanın ruhini tadqiq qilgan va bugungacha taq biz hezm qilmayotgan asarlar 10 asrda Uyg'urlarning yashagan madaniyat chemberkida ro'yobga chiqmasligi mumkin. Endi bu shunday bir sarxil darslar
Muşundaq astronomiyadan tatib tababetkiçe, ilmi, şu geometriya, hesap, ilmi mantık. Bugünkü mesela muşu ziyalilerimizden, ziyali demeyle, bugünkü üniversitede okuvatkanlarının, şahsen menin yaşımdakilerinin men en cık his kıldığım muhim bir acizlik var, can acizligi. Her kandak bir meselede münazirli şeyli, fikirli şeyli, nim bolçudan katli nazar, bizi bir naskem, mantıkem. Bizning burunqi müderrislerimizde, burunqi medreselerde yetişken alimlerimizde bundaq bir iş bolmagan. Ular her kandak şu özünü tutgan bir ro'yi keyfiyat bilen, bilimi bilen, ilimi bilen, ular bir mantiqlik tushirib turib, logiklik tushib turib, bir narsani talqin qilgan, tadqiq qilgan, tanqid qilgan. Lekin bugungi bizdagi da'talash, o'rinsiz da'talashlarninki, ijtimoiy taratquldagi da'talashlarning mutlaq ko'pchilikka qaraydigan bo'lsak, mush ilmiy mantiq, ya'ni mantiq ilmining yo'qligi mening qattiq ichimni pishirdi. Xulos kalam, men vaqt munosabati bilan asli jiqra so'zlamoqdim, lekin vaqt munosabati bilan qisqartay. Abdullah Talib bizningki Uyg'ur ideologiya tariximizda, yaqinki zaman demayman, bir butun ideologiya tariximizda Uyg'urlarninki g'oyat zo'r ideologiya sistemasi bo'lgan mush ma'rif tarixini tunjulab, dadillik bilan, canpidallik bilan burunqilarga bo'lgan hurmat, iftixor va kelgis avlodlarga bo'lgan bir mas'uliyat, buruch tuyg'usi bilan bizga yozib qoldirgan bir yo'l boshlamchi bir pedagog. Mayli Uyg'ur ma'rif tarixining o'chiriklar bo'lsin, mayli Uyg'ur ma'rif tarixi bo'lsin, bu yolg'izlar Uyg'urlarning boy degandek bir o'qitish, ta'lim tarbiya tezisi xotirasi emas. Bu barliq Uyg'ur millatininki bugungacha bo'lgan bir aqliy taraqqiyot xotirasininki yig'indisi, jug'lanmasi. Albatta bu kitobning yetarsizligi, kamchiliklari bugun qaraganda ko'zimizga ko'proq ko'rildi. Lekin bayatin degandek, mushu ko'proq bugungi ko'zimizga ko'rilgan kamchiliklarni biz 40 yildan keyin bugungi mushunday butun imkoniyatlarimiz bor holatda biz uni to'liqlab, tuzitib, yozib, uni ro'yobga chiqarmagan ekanmiz. Albatta uningda mutaxassis yaxshi bir asar yozilgan qadar hurmat bildirishimiz kerak va taxim yaxshi yozilgan asar yozilgan taqdirdimi Abdullah Talibninki bu yo'lboshchamchiligi, bu fidokorligi, bu chig'ir yo'lni ochgandagi jur'ati, jasorati cho'qim bizningki esimizda mangu xotirlanishi kerak deb o'ylayman. Hammanglarga rahmat. Endi biz muhokama yig'inimizning tushdan keyingi ikkinchi qismini boshlaymiz. Navbatda Dunyo Uyg'ur Yozuvchilar uyushmasining raisi Raila Kamalxonim bizga Abdullah Talibning egarlikat povestidagi Qo'chqar polvon ruhi va yozuvchining Ejdod izlash chaqiriqi nomli maqolasini sunmoqchi. Assalomu alaykum qarindoshlar. Men navbatda sizlarning diqqatingizga Uyg'ur tarixida bo'libmi milliy inqiloblarimizda o'z mingan egarlik otga o'xshash kishnab turgan özünün yaşlığını, bunca hayatını öz halkının erkinliği, hürlüğü için bağışlayan, özünün ölüp gittiğanlığını bilsimi, teslimiyetçilikini emez, merdane ölümünü tanıgan bir ahbuz adlık şahsadını. Şundaq bolsunma, lekin tariximizde köp tilg'i ilinmagan, köp xatirlanmagan bir jangchini tanıştırgaç, onun ideyasi ve onun ideyasininki bugünkü kundagi real qimmatlar haqida sizlar bilan o'rtoqlashmoqchiman. Abdullah Talibning egarlik ot povestidagi Qo'chqar polvon ruhi va yozuvchining ajdod izlash chaqiriqi maqolamning temasi. Ustoz yozuvchi Abdullah Talibning bizga qoldirib ketgan adabiy miroslar ichida egarlik ot tarixiy povesti bir ma'naviy qo'rg'on sifatida alohida qimmatga ega. Chunki bu asar bizga tasvirlab bergan Qo'chqar polvonning obrazi bugungi milliy kurashimiz va kimlik krizisimizda biz uchun zarur bo'lgan yildiz va ruhning manbasidir. Bu maqolning asosiy maqsadi Qo'chqar polvonning vujudidagi ma'rifat so'yarlik bilan boturlikning birlashishini bugungi realligimiz uchun bir axloq o'lchami sifatida qayta baholash hamda avtorning asar xotimisidagi odam bo'lsang ajdodingni izda degan o'tkir xitobining bugungi real qimmatini yo'rtib berishdir.
Abdullah Talibning nazarida ajdodni izlash, tarixning sarg'aygan betlarida sayohat qilish emas, balki bizni bugungi nodonlik va bu sho'rliq taqdirimizdan qutuldiradigan ma'naviy kimligimizni qaytadan tepib chiqishdir. Yozuvchi bizni Qo'shqar polvonning ruhi orqali o'zimizga, ya'ni o'z yiltizimizga qaytishga chaqiradi. Biz bu asarni qayta varaqlaganda, amaliyotda kelgusiga qaraydigan yangi bir ko'zni izlaymiz. Undaqda Qo'shqar polvon kim? Abduniyaz Kamal, xalq arasida Qo'shqar polvon nomi bilan tanilgan. O'zimi bu nomni yaxshi ko'rgan. 20-asrning 30-yillardagi Uyg'ur milliy ozodlik kurashlarining ko'zga ko'ringan, lekin ko'p tilga ilinmagan jangovar simosi. Inqilobchi, talantli, prinsipli harbiy qo'mondan. Yozuvchi Abdullah Talibning Egarlik at tarixiy povestida onun balalıqdan taki şehit bo'lgan qadar kechirmishlari davrning siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy arqa ko'rinishi bilan zich bog'lanishli holda tasvirlanadi. Abduniyaz Kamal 1910-yili 90 noyasining Aqtash mahallasida dehqon oilasida tug'ilgan. O dunyoga kelgan davr Ching sulolasi yemirilib, Junxa Mingu qurilgan, ammo Sharq Turkiston zaminida asrlar bo'yi davomlashib kelgan zulm, ma'rifsizlik va namratlik texmi avish olgan. Shundaqla xalqning zulmga qarshi murassasiz kurash o'tlari tutishayotgan bir tarixiy burilish davriga to'g'ri keladi. U 7 yoshida Aqtash madrasasida ayni davrning marfatparvar zoti Zakir Damollamda o'qigan. Uning dadisi terchi bo'lib, u dadisining terchiligining ig'ir jismoniy emgaklarga yordamlashish jarayonida cheniqib, kuchtungur, qomatlik va aktiv bir polvon sifat yigit bo'lib yetiladi. Yurtdagilar shunga uningga Qo'shqar polvon degan nomni berdi. 1930-yillarning 5-ida Xotanda Muhammad Emin Bug'ra va uning inilari, Qashqarda Sabit Damollam, Qumulda Xo'janiyaz Hojim yetakchiligida portlagan milliy ozodlik qo'zg'olonlari va ularning g'alabalik yurishlari Abduniyazning vatanparvarlik ruhini uyg'otdi. 1930-yili Abduniyaz milliy Uyg'urni shoiri Abduxoliq Uyg'uri bilan tanishdi. Abduxoliq Uyg'uri bu savodliq, aqlliq va g'ayratlik yigitni o'ziga yaqin sabdosh qildi. Ular birlikda Mo'ng'ullarning Nadam bayramiga qatnashganda Abduniyaz Mo'ng'ul polvonni yengib, sovg'atga egarlangan Oqbuz atni oldi. Bu at uning butun jangovar hayotidagi qanotiga aylanadi. 1933-yilning kirish harpisida Abduxoliq Uyg'urning Turpanga chaqirib yozgan jiddiy xatini olgandan keyin to'y qilganiga amdil bir hafta bo'lgan bo'lishiga qaramay, yaqin do'sti Hidoyi bilan Oqboz etini minib Turpanga yetib keladi va ayoli Fatima bilan shu ayrilgancha qayta ko'risholmay, hurlik yo'lida qurbon bo'ladi. Turpanda Abduxoliq Uyg'urining vasitchiligi bilan Mahmud Muhiti qo'shiniga askar bo'lib kirgan Abduniyazning harbiy hayoti Murtiqda oq o'rislar tarafidan qirib 200 fidoyining oxiratlik ishlarini bajarish bilan boshlanadi. Milliy qo'shin Qashqarga kelgandan keyin Mahmud Muhiti uni komandirlikka tayinlab, Yapchan va Harabdak strategik joylarning amonlik va razvedka vazifasini topshirdi. U o'zining aqlliq, intizomchan va tadbirlik xislati bilan yuqori hurmatga erishdi. Xo'janiyaz Hojim Shinsayning oldimiga uchrab, Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining qurg'uvchisi Sabit Damulla va ministrlarni qo'lga olg'izgandan keyin qo'shin ichida bo'linish chiqib, Mahmud Muhiti chet elga qochishga majbur bo'ladi. Dal mushunda qo'shin boshsiz qolgan ig'ir krizis paytida Abduniyaz o'tirg'i tushib, taslimchilikni rad qiladi. U Abduxoliq Uyg'uri va Mamtili Tavfiqdak sarxillarning millatparvarlik ideyasini to'liq qabul qilganligi uchun xalqining zulmda ing'irishiga sukut qilib tura olmaydi. U tarqilib ketgan 31, 32, 33, 34 polklarning askarlarini Yakanning Kachung rayoniga to'plab, qilib qolgan ofitserlar bilan kengash o'tkazdi. Natijada 1000 ga yaqin jangchining birlikka kelgan qo'llashi bilan Abduniyaz bosh qo'mondonlikqa, Mo'ydin Tuanjang muavin qo'mondonlikqa va shtab boshliqligiga saylanadi. U qo'shinni 4 polkqa, har bir jangchiga 200 taldan o'q tarqitib, qo'shinning jangovarligini qayta tiklaydi. Abduniyaz Sijang qo'shinni tartib solgandan keyin Xotandagi Mahusan bilan Shinsayga qarshi taktikalik birlik hosil qiladi. 1937-yili 29 may
Plan bo'yicha Abduniyaz qo'mondonligidagi 3 tuvan otliq askar Qashqar, Yengishahar va Ko'ni shaharga hujum qiladi. Shinsay tarafda 31-tanda turgan Ahmad Maqsum qo'mondonligidagi Yumloq shahar sepilini qo'g'daydi. Abduniyaz kelishim bo'yicha Qurbonniyaz va Kichik Oxun tuvanjanglar bilan birlikda Oqsuning Avat naysiga yurish qilib, toki 9-oygacha Gomindang va Shinsay qo'shinlari bilan qanliq elishidi. Shinsayning Sovet ittifoqidan yordam so'rashi bilan Sovet Qizil armiyasi 20 polk askar va 20 urush aeroplani bilan besib kirdi. Abduniyaz jangchilari oq to'p kiyishib, jon tikib elishidi va bir Sovet aeroplanini etib tushirdi. Ammo Oqsu Qumboshdagi shiddatli janglarda o'q-dori tugaydi. Shuning bilan bir vaqtda ittifoqdoshi Maxusan kelishimga asiylik qilib, nurg'un mol dunyoni elib Hindistonga qochib ketganligi uchun milliy qo'shin Yakan va Taxlimakan atrofiga chekinishga majbur bo'ladi. Abduniyaz Kamal 1937 yılı oktabrda əmdili 27 yaşında qurban bo'ladi. Uning o'limi haqida tarixiy manbalar va guvohchilarning aslimlarida asoslıq mundaq ushul uchur mavjud. Birinchisi, tutqun qilinish qarashi. Sopaxon So'rovning aslimisida Mankashkan kechiklarda armiya Aqchidan Avatqa, ondan Makitga chekinganda 300 askar qoladi. Kichik Oxun tuanjang chet elga qocholmay Yakanning tağarcı yezida yurganda 31-tuanning Lianjangi Yusuf tarafidan qurolsizlantirilib, hukumatga topshirildi. Shinsay maxsus aeroplan bilan Abduniyaz va Kichik Oxunlarni Urumchiga akilib turmada o'ldirdi degan qarash. Ikkinchi, bombardimanda shahid bo'lish qarashi. Abdullah Talibning mush egarlik at degan bu tarixiy povosida bu xil qarash, ya'ni bombardimanda shahid bo'lish qarashi. Egarlik at bu tarixiy povosda bo'lsa, bu xil qarash bo'yicha yozilgan. 1937-yili 10-oyda Abduniyaz yaqin sabdoshlaridan 10 kishi bilan ilgari o'zi turgan Harabdagi garazmiga qaytib kelib, bexastalikdan qattiq uxlab qolganda ularni qo'g'lab yurgan Sovet aeroplanlari ushtumtut bombardimon qilib, garazmini tüp-tüz qilib o'tdi. Yerlik dehqonlar ularning jasadini to'p bosidan chiqarib, mashhur Qilish Bug'raxon mozorligiga dafn qildi degan qarash. Bu egarlikat mushuni asos qilib turib yozilgan. Üçüncü xil qarash oxirgacha tirkishish qarashi. Muhammad Salayning aslimisida Şinjan tazkirchiligidan elindi. Aqsu Qumbashda Sovet Qizil armiyasi bilan bo'lgan qattiq elishda o'q tugab, Yakanga chekingandan keyin Abduniyaz oxirgacha tirkishib, amal qolmaganda askarlarni tarqitdi. 1937-yili 10-oyda Sovet razvedka aeroplanlari uning o'rnini bayqaydi va u Turdiyev Nasir boshlig'idagi qo'g'lab tutish qo'shini tarafidan qo'lga ilindi degan qarash. Xulasa, mayli qaysi xil qarash tarixiy jihatdan mutlaq bo'lmasin, aniq bo'lgan bir haqiqat shuki, Abduniyaz Kamal Qo'shqar palvon endi 27 yoshida o'z hayotini millatining erkinligi va vatanning g'ururi uchun bir hurlik jangchisiga xos jasorat bilan mardlarcha tamomlagan o'chmas tarixiy qahramondir. Egarlik at tarixiy povestda Qo'shqar palvonning hamda qandoq ruhiy yorqin ifodalangan. Qo'shqar palvonning oldi bilan mərifətpərvər bir alamdorlik ruhi ifodalangan. Qo'shqar palvonning qahramonligi madrasaning tinish tomlari orasidan boshlangan. U nodonlik bilan urush qilgan askar emas, balki nima uchun kurash qilayotganligini, haqqoniyatning nima ekanligini biladigan bir ziyoli jangchidir. Bu uning ot ustidagi botirligiga nur bergan. Qo'shqar palvonning janglardagi botirligi zulmga qarshi patlagan haqqoniyat g'azbidir. Uning komandir hatto sijang bo'lib saylanishi bir mansab qo'g'lish emas, balki xalqining uningdagi pok axloq va po'latdek irodaga bo'lgan ishonchisining natijasidir. Uning quroli mustabid hokimiyatga, zulmga, dushmanga tanglangan. Qo'shqar palvonning ruhidagi bu ikki xislatning birlashishi bugungi biz uchun bir mashaldir. Bizning alimimiz, bizning qalamimiz, bizning jang maydonimiz, bizning kimlik qo'rg'inimizdir. Abdullah Talib bizni Qo'shqar palvondek qalamda marfatlik, alamda qaysar bo'lishga chaqirdi. Biz dal mushundaq to'liq ruhni istaymiz. Haqni tunish va siyosiy iroda ruhi. 1933-yili Qo'shqar palvon tezli oldingi safga o'tgan. U Mahmud Muhidinning eng ishonchli harbiy qo'mondonlaridan biriga aylangan. U Shinsayning demokratizm yoki do'stlik niqobi ostidagi hiyla mikrlarga aldanmaydi. U dushmanning yumshoq so'zlariga, aldashlarga va vaqtliq manfaatlarga ishonmaydi. Shunashqa u asarda murassassiz g'ururning simboli qilingan.
Şingsayning yolg'on so'zlariga ayni vaqtdagi nurg'un kishilar ishongan. Qo'shqar palvonning buningga aldanmasligi uning ma'rifatlik bo'lganligining, ya'ni haqiqatni niqobdan ayrila oladigan bir so'zuk ko'zga ega ekanligining isboti. Düşmanning yumshoq so'zlari bir xil sinoqdir. Qo'shqar palvonning bu sinoqdan o'tishi uningda vaqtlik manfaatdan mangulik kimlikning afzalligini tonuydigan bir siyosiy irodaning borligini ko'rsatadi. Dunyo qanchalik yolg'on, diplomatiya qanchalik mujmal bo'lsin, insonning o'z yiltiziga bo'lgan sadoqati va haqni tunish irodasi uni har qanday hiyla-mikrdan qutqizib qola oladi. Uning intizomchan ruhi Qo'shqar palvon Abduniyaz Kamal boshchilik qilgan qo'shin intayin tartiblik, intizomlik va jangovar qo'shin edi. Ular oq o'ris qo'shinlarini va Shinsayning nurg'un qo'shinlarini mag'lub qilgan. Uning qo'shinida ilm, ma'rifat, tarbiyasiga ahamiyat beriladi. U Abdxoliq Uyg'uri va Tabiq apandilarning naqshlarini, marishlarini askarlarga o'rgatib, ularning kurash irodasini oshirgan. U doim vatanparvar, millatparvar zotlar bilan hamsuhbatda bo'lishni yaxshi ko'radi. U jangchilarga faqat urush qilishni emas, balki vatan va millat uchun qurbon berishning ma'nosini o'rgatgan. Qo'shqar palvon mardlik bilan o'lishni tanlagan. Bundaq o'lim uning butun hayotidagi egarlik otdan tushmaslik, ya'ni g'ururni yo'qotmaslik prinsipining davomi edi. Nodonlikning ziyni bu asarning eng kuchli yetkazmoqchi bo'lgani. Abdulla Talib inqilobning nima uchun mag'lub bo'lganligini tahlil qilganda millat ichidagi nodonlik va kimlik engining tuvanligini tanqid qiladi. Abdurning asar orqali aytmoqchi bo'lgan mashhur so'zi bo'lsa, bu hol nodonlikdan kelayotgan sho'rliq degandan iborat. Abdulla Talibning ajdod izlash chaqiriqi. Bizning tarixdan o'rganadigan birdan bir narsamiz kishilarning tarixdan hech narsa o'rganmaydiganligidir, deydi Germanning mashhur faylasufi Hegel o'zining tarix falsafasi asarida. Abdulla Talib egarlik atning xotimasida o'qirmanlarga mundaq xitob qiladi. Odam bo'lsang ajdodingni izla. Buning ma'nosi o'z tarixini bilmagan millatning kelgusi bo'lmaydi deganlik. Egarlik at bir atliq jangchining hikoyasi emas, balki bir millatning uyg'unish, kurash qilish va o'zligini izlash tarixidir. Ajdodni izlash faqat o'tganlarni eslash emas, balki kimligimizning, qadriyatimizning va eng muhimi bugungi zulmat ara bizni olg'a boshlayotgan umidimizning qayerdan kelganligini bilishdir. Bu izlash o'tmishning kunlarini qo'chilash emas, balki o'sha kunlar ostiga yoshiringan mangulik cho'g'ini qayta tutashtirishdir. Bugun bizning ajdod izlash jarayonimizdagi eng chong to'salg'u qalbimizning naq o'ttirsig'i bostirilgan, taqdirning pichiqida qiyilgan qo'rqinish teshidir. U tash bizga bu vaqtlik parvosizlikni, bolalikda qimmatsizlikni, yoshlikda cho'kishni singdiradi. U bizni mendan, sizni sizdan, bizni bizdan ayirib etdi. Abdulla Talibning "Odam bo'lsang ajdodingni izla" degan xitobi dal mushu toshni parchalash uchun aytilgan. Ajdodini topgan odam qalbidagi qo'rqinchni qo'g'lagan odamdir. Al-Kisarining Yiltiz romanidagi mono bayon bilan so'zimni oxirlashtirman. Yiltizni izlamagan odam shamolda qolgan xazondir. Uning qayerga berib tushadiganligini faqatla shamol qaror qiladi. Rahmat sizlarga. Raila Kamaladimizga ko'p rahmat. Endi tövende bizningki sap milliy tarixchimiz, tarixshunos, o'ziningki Uyg'ur umum tarixi asrilan, samarilik asrilan bizni so'yindirgan Nebijan Tursun akamiz Abdulla Talib romanlaridagi tarixning Sovet arxivlaridagi ko'rinishi nomli maqolasini bizga sunudi. Nebijan akam rahmat. Assalomu alaykum qimmatli do'stlar. Oldi bilan hammanglarningki mushundaq bir muhim bir bo'lgan bir zotni xotirlashga, jiroq-jiroqlardan kelganinglarga rahmat aytaman. Yaqinlardagi kelinmay qolganlardan afsuslanman. Albatta, buning o'zi bir fojia. Mushundaq o'zi uchun kurash qilgan, butun hayotini sarf qilgan, o'zining butun tarixini, o'zining butun milliy o'tmishini yoritishga o'zini bag'ishlagan bir zotning 100 yilligini xotirlab, shuning bilan birlikda o'zining millatini haqqida gap qilishni o'ylash uchun odamlarning kammaganligiga, shu millatning a'zolarining kammaganligiga odam nayt ichindi. Bundaq bo'lganda qandaq biz millatimizning istiqbolidan, kelajagidan gap qila olaymiz-da? Mush zalni 100 odam to'ldirammiz, 100 Uyg'ur. Shundami? Endi umidsizlanmaymiz, radiodagi 24 yillik taxallusum umid bor-da.
Hazır men ümit var. Endi men bugun sizlarga shu Abdulla Talib hurmatlik ustozninki tug'ilganligining 100 yilligi munosabati bilan bu efendimninki ijodiyatninki asosiy tarixiy nuqtadan, tarixiy chilliq, tarixiy reallik nuqtasidan men bir baholab o'tmoqchiman. Ya'ni bir tahlil qilib o'tmoqchiman. Onun ədəbi iqtidari, ədəbiyyatşünaslık nuqtasidan onun qo'lga keltirgan natijalari va boshqani ədəbiyyatşünaslarga topshiraman, ular baho bersin. Abdulla Talib bizning hozirgi zamon shu Uyg'ur tarixiy romanchiligidagi vakil xarakterlik, asos sog'uvchi shaxslardan biri. Bizning hozirgi zamon Uyg'ur romanchiligida, tarixiy romanchiligimizda 3 namoyanda bor desak bo'ladi. Bu 3 namoyanda kimi desak, birisi Abdurahim O'tkir, yana birisi Zo'rdin Sabir. Andan keyin Ziyo Samadi. Bu 3'i. Abdulla Talib mana shu 3 namoyanda bilan amaliyotda bir qatorda turadigan, bir o'rinda turadigan bir namoyanda deyishga haqliq. Uning ustiga bu 3 adib bizning hozirgi zamon shu romanchiligimizdagi, adabiyotimizdagi bu 3 namoyanda degan nomga hammadan erisholmaydi. Ham bu so'zni ishiltish uchunmi biz nayt o'ylashib turib ishiltimiz bu iboranchu. Demak bu 3 arbobga shu so'zni ishiltalaymiz dadillik bilan. Demakki bu 3 adib qandaq jihatdan nima uchun namoyanda bo'la oldi deganda ularning ijodiyatining qandaqdir bir muhabbat hikoyalarini, biz so'yga oshiqlar, cho'chaklarli, Layli Majnun hikoyalarini emas, faqat bir millatning kurash hayotini, bir millatning ozodlik, hurlik, mustaqillik, erkinlik uchun elib borgan butun musofirlarni yo'ritishga beg'ishlaganligi ham shuni yo'rtalaganliginingki eng go'zal yo'rtalaganliginingki natijasidan erishaldi. Zo'rdin Sabirning qolgan bütün eserlerini biz unutib ketimiz, faqat ana yurt bilan Zo'rdin Sabir. Mana namoyanda shu. Abdurahim O'tkirning boshqa eserlari bilan hisoblashmaymiz, uning o'yg'ongan zimin. Shundaymi? Ziyo Samadining Mayimxon, Ahmet Efendi va boshqa romanlari. Mana bu zotlar bütün hayotini Uyg'ur millatining kurash tarixi 19-asrdan tortib 20-asrgacha bo'lgan bütün shu kurash, ozodlik, hurlik hayotiga beg'ishlagan. Mana bu eserler xalq tarafidan uning ustiga eng so'yilgan eserler o'yg'ongan zimin, shuningdek ana yurt, Ziyo Samadining albatta vatanda cheklandi o eserler, Yillar siri va uningdan keyingi uning oldidagi Mayimxon va uningdan keyingi bu Ahmet Efendi romanlari. Endi Abdulla Talibmi dal ana shu 3 arbobga o'xshash, hatto bulardan sal oldiroq mana shu Uyg'ur millatining kurash hayotiga 20-asrdagi ozodlik, hurlik, mustaqillik kurash hayotiga o'zining qalamini beg'ishlagan bir yozuvchi asli Abdulla Talibdir. Abdulla Talib 1982-yili tunji qatim Qaynam O'rkishi nomli tarixiy biografik romanini e'lon qildi. Bu tarixiy biografik romani e'lon qilingandan keyin Abdulla Talibning Uyg'ur o'qirmanlar orasida Uyg'ur xalqi ichida bir cho'ng bir tavrinish bo'ldi. Tek-tek naganda bizmo shu Qaynam O'rkishiningki natijasi, biz shuning muvaffaqiyati tek-tek naganda. Biz o'rta maktabda bitirib oliy maktabga kirgan vaqtimiz mana shu romanni o'qib, Lutfulla Mutallibning she'rlarini o'qigan bo'lsak, ilgari Xiyoljon Tilak, Yillarga javobni. Biz uningdan Lutfulla Mutallibning bir 21 yoshlik, 22 yoshlik bir hozir o'lcham bo'yicha olganda bir bala. Shuning bir kurash hayoti, qo'rqmas bir irodalik hayotini biz shuningdan ko'rib, nurg'unlagan yoshlar yengidan bir ruh olgan. Bundash qilgan chaqda Uyg'ur millatining keyingi davrlardagi shunchalik madaniyat, ma'rif, hammasi bu aqida qoldirilgan, ro'yi bir tushkunlashgan bir vaqtda Qaynam O'rkishi orqali Uyg'urlarni qaytadan bir tirildi desak bo'ladi shu ruh bilan. Shu vaqtning o'zida men ilgirmi ko'p qatim degan edim. Bu bizda 78, 79, 80 yillarda
bütün Uyghur Subuydan okuydu Xitayning. Shundami? Qaplanbash, Linchong, Palani, Wangpatak yolvasida bütün Uyghur 108 Xitayning rivoyat qahramonlarining laqamlarigacha biladida hamiyada. Mında men hozir keyin statistik qilib baqdim, Tuyg'un do'stimga dedim. Uyg'urlar hozirgacha Subuydani o'qigandek Uyg'urlar bir tarixiy romanni shunchalik darajada o'qib baqa oldimi? Yezi qishloqdagi odamdan tortib hamma odam o'qiydigan bo'lib ketgan shu vaqtning o'zida. Mana shundaq sharoitda qaynam o'rkishi ani Subuyda dolqinni buzib tashlayapti Uyg'urlarda. 82-yildan keyin ondan hamma odam qaynam o'rkishini o'qidi. O'qib qaytadan jonlandi. Oqidan ondan ili dolqinlari chiqdi Abdurahmon Qahorninki. O yenidan bir dolqin qo'zg'adi. Oqidan mana mushundaq bir qator tarixiy romanlar 85 kelgan chaqda chala tekkan o'q. Mana mushu Uyg'urlardagi qizg'inlik, bir ro'yi qizg'inlik amaliyotda nimadan boshlandi degan chaqda mana mushu qaynam o'rkishidan 82-yildagi qaynam o'rkishidan tarixiy romandan Uyg'urlarda boshlanib ruh qaytadan bir tirildi desak bo'ladi. Demakki, uningdan keyingi qaynam o'rkishi bu 40-yillardagi Lutfullo Mutallibning hayoti shu vaqtdagi oxirgi bosqichlarda kurashlar bo'lsa, uningdan keyingi chala tekkan o'q romani 85-yildagi. Bu yana o'xshashlam shu vaqtdagi 40-yillardagi milliy mustaqillik, istiqloliyat inqilobiga bag'ishlangan bir asar tarixi. Uningdan keyingisi bu egarlik at. Bu 30-yillarga kelganda shundaq bo'lganda bu adam şu 30-yillar, 40-yillardagi Uyg'urlarning bir mahal bütün kurash dolqinlarini mana mush 3 romani, ya'ni bu egarlik atma amaliyotda povest deyildi, lekin roman kategoriyasiga kirdi tek-teknaqanda. Mush 3 asari orqali bütün bir kartinani yoritib berdi. Abdurim o'tkirmishi uyg'ongan zamin orqali 30-yillar, iz orqali 10-yillardagi Temur Xalifininki bunu uludi. Ziya Samadiymi yillar sari romani orqali 30-yillardagi shu kurash, birinchi qatimliq Sharq Turkiston inqilobi davri, Ahmad Apandi orqali 44-49-ga ikkinchi Sharq Turkiston Cumhuriyet inqilobi, Mayimxon romani orqali 19-asrdagi Uyg'urlarning birinchi qatimliq Manju imperiyasi qarshi mustaqillik inqilobi bular mushning bilan ulg'an. Demakki, Abdulla Talibmi ana shu qatorda mana bir davrni yoritib bizning ko'z oldimizga shu davrni qahramonlarni, voqealarni nihoyat aniq bir ko'rsatib bergan bir arbob endi. Endi uning qo'shim chiqib qo'ydig'inim bu Abdulla Talibni men shaxsan o'zimninki o'lchimim bo'yicha olganda Abdulla Talibni men shaxsiy jihatdan yaxshi tonatdim. Ya'ni 87-yildan tortib o kishi bilan paranglashgan, albatta cho'nqur suhbatlashmasakmi, 90-yillardan keyin ko'p ko'rishgan. Bo'libmi, men Moskvada o'qiyotgan vaqtim 91-yilda Sovet ittifoqi yiqilganda va Urumchiga qaytib kelsam, uchrashib qolib qo'limga eslab olib, menga degan gapi bor. Voy yiqildi, ajab yiqildi debchi. O demakchi Sovetni yiqildi demakchi. Mushini yiqilmaydi deb o'ylagandik, mushi yiqilib ketdi deb böyle hayajonlanib, xo'shal bo'lib ketibdi ekan. O nima deganda, o kishininki tuyg'usida Uyg'urning bütün siyosiy tarixi 20-asrdagi mush o'tmishi, bütün taqdiri, siyosiy taqdiri ana shu Moskvaga bog'liqlik edi. Uyg'urlarning ozodligining, mustaqilligining bo'lmay qilishi, qo'lga amalga oshmay qilishi, buning hammasining fojialarining yiltizash Kremlning temining ichidan chiqadi. Bunu bu adamlar yaxshi bilganligi uchun shu Sovet ittifoqining yiqilishidan nihoyat hayajonlangan, shu hayajonni menga shunda so'zlab bergan. Shu jarayonda ta'tilga kelsam doim uchrashib turdik, paranglashib shu yaning gapini qildik. Ham 90-yillardagi bizning ziyolilarning hammasining kallasida cho'ngning kallasida Moskva botigi u vaqtlarda. O Amerika degan hukmlar yo'q odamlarning kallasi. Umumyuzlik Sovet Moskva degan hukm. Ya'ni bizning ishimizga shular qo'l soladi deydigan manda bir ong botdi burunqi nim bo'yicha. Abdulla Talibmi aşı tushunchadagi odam edi. Ko'p so'zlashgan bu shaxsiy o'zimninki bir munosabatim hamda bu kishi bilan. Abdulla Talibninki romanlarining ichidagi bu yerdagi tarixiy chilliq nuqtasiga kelsak, men oldi bilan bu kishininki romanlarininki tarixiy chilliq, ya'ni tarixiy chilliq bo'lganda men bu tarix chilliqni adabiyotshunaslik nuqtasidan
adabiyotchilarning chinlik degan uqum bo'yicha tahlil qilmayman. Buning tarixiy dokument asosi, fakt asosi qanchalik degan nuqtadan tahlil qilib beraman. Chunki adabiyotshunoslar personajlarning obrazini har xil nuqtadan sharhlaydi. Men unda sharhlamayman. Oldindan men shu qaynam o'rkishi haqida to'xtalaman. Hamda Abdullah Talibninki bu ijodiyatninki alayligidan olganda bu kishininki eng muhim bir tarafi bu kishining asosli 4 bir alaydilik varmış. Şu tarixiy chillik, tarixiy reallik nuqtasidan asarlardagi tarixiy, ya'ni shu vaqtdagi tarixiy sharoitga, tarixiy vaziyatga, tarixiy voqealarga qanchalik uyg'un degan darajadan olganda, birinchidan u kishininki bu tarixiy romanlarda asosli yana mush egarlik ot va qaynam o'rkishi ham bu Çalı tekkan o'q 3 romanni tutaman. Lali Qurban haqida to'xtalmayman. Buning da birinchisi o kishininki tarixiy romanlarida tasvirlangan bosh qahramonlar, ashuningdagi shaxslar. Mayli asosiy personaj bo'lsin yoki qo'shimcha personaj bo'lsin, bularning hammasi rost, haqiqiy shaxslar, haqiqiy odamlar. Buning ichida avtor o'zi to'qib chiqqan, badiylashtirilgan, yasalgan adamlar bor, ismlari albatta ba'zilarniki, lekin u asosi salmoq emas. Mutlaq ko'p qismi 90% shaxslar hammasi Abdullah Talib o'zi uchrashgan, ko'rgan, birga bo'lgan yoki anglagan odamlar shu tarixninki. Bu jihatdagi bu asarlarninki nihoyatda reallikqa uyg'un, chin, haqiqiy shu tarixiy davr bilan birdek bo'lishidagi asosiy sabab mana bu. Ikkinchisi o kishining tarixiy romanlardagi siyosiy, ijtimoiy, madaniyat va boshqa hodisalar. Ashlarning hammasi naq yuz bergan voqealar. Ya'ni o'zi to'qib chiqqan voqealar emas. Masalan, Abdurahim O'tkirning Uyg'ongan zimin romaniga silishtirganda, qaynam o'rkishi yoki ma'vo egarlik otni silishtirganda, Abdurahim O'tkirning Uyg'ongan ziminmi nihoyat muvaffaqiyatli asar bo'lgan bo'lsa-mu, ammo uningda badiylashish darajasi yuqori. Nurg'un tarixiy voqealarni, nurg'un rost biografik voqealarni yozib chiqqan bo'lsa-mu, lekin Xo'janiyaz Hojimning tasviri, Mahmud Mo'itining tasviri, yana boshqalarning tasviri u bo'ladi, nihoyat badiylashtirib o'tilgan. Endi bu badiylashtirib o'tilganligi uchun jiq o'qirmanlar oson zo'q ola oladi buningdan, badiylashgan narsadan. Ammo Abdullah Talib haddidan ziyada badiylashtirmagan. Rost shaxslarni o'z beticha tasvirlashga tirishgan. Bu kishining bir alayidligi. Uchinchisi tarixiy shaxslarning ko'pinchisi bilan avtor o'zi uchrashganligi uchun, birga bo'lganligi uchun, bo'libmi qaynam o'rkishidikisi bilan o'zi Aqsuda shu vaqtning o'zida 43dan 46-yilgacha Lutfullah Mutallib Aqsuda yashab o'ldirilgan. Shu davrda Lutfullah Mutallib va uning atrofidagi yoshlar, Sharq Turkiston yoshlar uchqun tashkilotining bu odamlarning ko'pinchisini Abdullah Talib o'zi yaxshi bilgan, suhbatdosh bo'lgan, tanishgan, ko'rgan mundaq shaxslar. Hatto qaynam o'rkishi tasvirlaydigan jasuslar, Yantaqob deydi, yana u bu deganlarnimi, u odam Hekimnur deganlar, ularnimi Abdullah Talib o'zi ko'rgan. Dal bu Abdullah Talibning Aqsudagi 43dan 46-yilgacha Aqsud Darul Muallimida o'qiyotgan vaqti, dal o'zi 19 yoshlardagi, agar u odam 25-yil tug'ilgan bo'lsa, aniq. Ya 24 vaqtning o'zida u odam 20 yosh bo'ladi. O mukammal bir odamning xotirasi esida qoladigan bir davr endi. Shuning uchun bu kishi qaynam o'rkishidagi siz o'qigan, uchrashgan shu tasavvurdagi odamlar hammasi ko'z oldingizga shunda haqiqiy paydo bo'ladi. Anadan keyin nihoyatda rost. Ham 4-chi alayidligi u kishininki asarlarining bir alayidligi, 4-chi alayidligi nihoyatda asarlar mol bilim xarakteriga ega. O tarixiy asarlar badiiy jihatdan haddidan ziyada kuchab ketmay, ammo asarlarning nima deymiz, qimmatiga, bilim qimmatiga nihoyat ahamiyat bergan. Siz uning tarixiy romanlaridan do'stim Erkin Ahmad deb o'tdi. Nurg'un yer joylarini, nurg'un voqea bo'lgan, naq bo'lgan voqealar yuz bergan rayonni, shu joyning jug'rafiyalik ahvoli naq o'zini bilalaysiz. Ikkinchisi yana nimani bilalaysiz deganda, shu voqealarning dal yil oy kunlarimi
tarixiy dokumentlarga, asli hujjatlarga shunchalik uyg'un keladi. Buningki anandan keyin uningda nayti mo'l bo'lgan, o'zining nayti bir qanchalik iqtidorli odamini ko'rsatgan, odam ekanini ko'rsatgan tarafi nayti ko'p naqllar bor. Bu naqllar nima deganda, Yevropa klassiklarining asarlaridan ilingan naqllar, dаңlıq olimlardan, faylasoflarninkidan ilingan üzündilar. Bu asarning o'sha har bir mavzudagi tematik qatlam bilan nayti mayirlik bilan birlashtirilgan. Bu odamning alaydigan til jihatini olganda, tilimo nayti tushunishlik, ommabop, to'g'ri grammatik jihatdan hatto ananikin odatdagi xalq tili. Har qanday odam o'qisa, uningdan nayti zoq ola oladigan, haddidan ziyoda ba'zi ziyolilar hamda o'zining mukammalligini ko'rsatish uchun tilni haddidan ziyoda xalqdan ayiradi-ku, avom xalqdan. Bu odamda u narsa yo'q. Shuning uchun Abdullah Talib tarixiy romanlarining xalq ichida nayti keng o'qilishidagi sabab birisi shu. Endi biz Abdullah Talibning tarixiy romanlaridagi bu nuqtadan keyin biz endi men temam bo'yicha ko'chadigan yana bir nuqta tarixiy romanlardagi tarixiy arx ko'rinishlarninki to'liqlamasi va chilliqi. Abdullah Talibning oldi bilan biz Qaynam o'rkishi romanini azroq tahlil qilib o'taylik. Qaynam o'rkishi romanida Abdullah Talib asosligi Lutfullah Mutallibning 42-yildan keyin 43-yili Aqsuga kelib, Aqsu gazetida ishlash, yo'lda ayliqi Ürümchidan ayrilib, shunami esinglarda o'qigan bo'lsa, ko'z oldingizga keladi. Nay go'zal tasvirlar bor, ayliqi ham romantik nayti tasvirlari. Ondan keyin Aqsuga kelgandan keyin 45-yil Aqsuda şehit bo'luvchi bo'lgan 2 yildan ortiq vaqtdagi kurash hayoti asos qilingan. Bu Abdullah Talibning bir o'zgich tarafi. Bu odam, bu yozuvchi nayti qobil bir yozuvchi bo'lganligi uchun o'zi Abdullah Talibning o'zi bilmagan bosqichlariga hayotining Lutfullah Mutallib uningga kirmagan jiqcho. Ürümchidagi hayoti, G'oljidagi hayotini kirmagan. Ammo uni to'liqlagan yana bir yozuvchi bor. Ko'pinchanglar bilishinglar mumkin, bilmasinglar mumkin. Lutfullah Mutallib haqidagi tunji roman 1969-yil Qozog'istonda nashr qilingan. Masimjon Zulfiqarov dаңlıq yozuvchi 69-yili Qozog'istonda yozuvchi nashriyat tarafidan Lutfullah Mutallib romanini nashr qildigan. Romanning ismi Lutfullah Mutallib. Bu birinchi roman Lutfullah Mutallib haqida. Lekin o roman asosligi Masimjon Zulfiqarov Lutfullah Mutallibning kichik vaqtda do'st hamdi. Do'st bo'lganligi uchun G'oljida, Nilqida shu balliq hayoti, shu hayotini o'zi ko'rgan tasvirlashga berilgan keyingi hayotiga o'tmagan. Balkim Abdullah Talib Masimjon Zulfiqarovning romanini ko'rgan bo'lishi mumkin. 82-yilda Sovet ittifoqi bilan yo'l ichilishga boshlagan shu vaqtlarda ba'zilar akagan bo'lishi mumkin, ammo uningdan 13 yil keyin Abdullah Talibning Qaynam o'rkishi chiqdi hamda uningdan nayti mukammal, nayti yuksak darajada chiqqan bir asar bo'ldi. Albatta, selishtirganda Masimjon Zulfiqarovni malaqi men tushunmoqchi emasman. U o'zining muvaffaqiyatiga ega. Hamda Qaynam o'rkishi romanida deki vaqaliklarning chilliqi qayerda deyilganda bo'libmi Lutfullah Mutallib boshliq Sharq Turkiston yoshlar uchqun tashkilotininki faoliyatlari, Aqsudagi kurashlari shu asosiy nuqta qilingan. Ya'ni bu yerda mening qo'shimcha qildiganim albatta Abdullah Talib o vaqtdagi vaziyat sharoit tufaylidan bu Sharq Turkiston yoshlar uchqun tashkilotining faoliyatlarini ularning tub nishoni mustaqillik G'oljidagi Sharq Turkiston Jumhuriyati bilan moslashib Aqsuni ozod qilish, butun Sharq Turkistonni janubni ozod qilishdan iborat oldin yuksak g'oyani oldi qo'ygan bir tashkilot ekanligidan iborat bu nuqtalarga kirishdan o'zini chetga oladi. Sabab nimasi? Sharoit tufaylidan ular ilm madaniyat inqilobi u buning bo'ron chopqinlari bilan kaltak chumoq yeb aranta o'shiga kelgan vaqti. Shunga ulardan chiq o'tmay uni Lutfullah Mutallibni inqilobiy qurbon deb Xitoy hukumatı o'zining ramkasi bo'yicha bekitib qo'ygan o'lcham ostida faqat yoshlarning harakatini tasvirlab aning bilan o'tishga to'g'ri kelgan. Uningda ko'p deyilmaydi. Ammo biz keyingi vaqtlarda Lutfullah Mutalliblarning qandaq bu tashkilotlarning nima ishlarni qilganligi
qandaq o'ltirilganligiga oid nurg'un faktlarni aniqlab chiqdik. Men kitobimninki 8-tomida mushu Aqsudagi Lutfullah Mutallib boshliq Sharqiy Turkiston yoshlar uchqini tashkiloti. Abdulla Talib rahmatlik kitobida Sharqiy Turkiston degan atalg'ini ishiltanmaydi. Amalning yo'qligidan. Shunga yoshlar uchqini uchqun yoshlar degan atalg'ini ishiltib uchqunlar tashkiloti yoshlarmi yo'q o'tib ketadi. Keyingi vaqtlardagi ba'zilar yozganlarmi Aqsudagi uchqunlar tashkiloti bu depli o'tkazib o'tgan, oldiga o'tmagan. Amaliyotda bu tashkilotning rasmiy o'lchamlik to'g'ri ismi Sharqiy Turkiston yoshlar uchquni. Bu rasmiy dokument asosida bu 1947-yili 46-yilning oxirisida G'oljada Kurash jurnali maxsus Lutfullah Mutallibning o'lib ketganligi xabarini olgandan keyin G'oljada Sharqiy Turkiston hukumatı Lutfullah Mutallibni xotirlash yig'ini o'tkazgan. Shu yerda Alqa Mahtamninki yana birisi bilan birlikda yozgan ham maqolasi bor. Aqsuda Lutfullah Mutallib qatorliqlar bu tashkilot qandoq yo'qitildi, qandoq o'ldirildi deganga oid buningdagi to'liqlangan asarda hamda buningda bu tashkilotning ismi rasmiy turda Sharqiy Turkiston yoshlar uchqini tashkiloti ekanligi bekitilgan. Uningda Lutfullah Mutallib bilan birga o'ldirilganlarning soni hammasi aniq uchirib berilgan, ammo hozirgacha bu aniq bo'lmagan. Ammo Abdulla Talibning Lutfullah Mutallibning obrazini yaratish jarayonidagi uning nihoyat qaysarligi, qahramonligi, hatto eng oxirida dushmanning shu Xitoy Jovxanchi ismini atamaydi albatta. Shu saqchi boshlig'i deb ataydi. Shuning oldida sen taslim bo'lsang hayoting saq qoladi deganda uni tillab she'r o'qib oxirida atqanligi ishtirib az yo'lga tashlab o'tganligi voqeasi bor. Bular nihoyat rost haqiqiy deyishimdek fakt bor. Bu voqeaning dokument asosi nada deganda 56-yilda Xitoy hukumatı mushu Lutfullah Mutallib boshliq Aqsudagi mush tashkilot a'zolari qandoq o'ldirilgan degan masala bo'yicha tekshirish ilib borgan. Tekshirish ilib borgandan keyin ichki jihatda maxsus shu vaqtdagi shu o'ldirishga qatnashgan odamlarning bir qismi 49-yildan keyin bu Gomindan bular haqiqatga qaytgan odamlarga aylanib qolgan bu jallodlar. Xitoylar 49-50-yilda nurg'un Gomindanning generallarning askarlarini haqiqat qaytdi dedi-ku, tavsiya taslim bo'lganligini e'lon qilgandan keyin. Bu jallodlarmi o'xshashlar haqiqat qaytgan odamlar bo'lib, oqlanib ishlavergan. Ba'zilari jazo lagerlariga evatgan. Lutfullah Mutallibni o'ldirishga qatnashgan 30 dan ortiq saqchining ichida mutlaq ko'p qismi Xitoy saqchilari, harbiylar bor, uning ichida 6-7 Uyg'ur bor. Lutfullah Mutallibni o'ldirishga bevosita qatnashganlarning ichida Uyg'ur bor. Yasin, Zunun, bu deydigan. Shuning ichidan bu ikkisi Zunun degani Aqsuda Zoming degan Xitoycha ism bilan dangliq bo'lgan. Ayolning ismi Zuhra, uni Zoya degan ayni vaqtida. Bu Aqsuda dangliq jasuslar bular, Uyg'ur jasuslari. Lutfullah Mutallib tragediyasidagi qahramonlarda endi bu. Bu bularni lagerdan tepkilib, emgak yo'l o'zgartirish lagerdan maxsus shularning eg'izdan mush jarayon qanday bo'lgan deganni bir-birlab yezib qoldirgan hujjat bor. Bu hujjat keyin 58-yilda Xinjiang tarixiy materiallarini to'plash deydigan bir o'rinninki ichki materiallar shaklida saqlangan. O material mening qo'limda bor. Shu bo'yicha va boshqa materiallar bo'yicha men kitobimning 8-tomga butun jarayonni kirgizdim. Buningda Lutfullah Mutallib bilan birga o'ldirilganlar 30 necha yosh odam, yoshlar. Aqsudagi ziyolining hammasi o'ldirilgan. Sovet ittifoqi Toshkentda 34 dan 37 gacha o'qib kelgan Yusufjon deydi, bu Tavakkulov degan bütün ziyolining hammasi Davutov, Abdulla Davutov, Bay, Aqsu, Ushturpan 3 joydagisi hammasi qirib tashlagan. Ushturpanda 18 yosh Abdukarim Abbosovning ikki inisi boshliq bular naq maydonda o'ldirilgan. Aqsuda 37 odam Bayda o'ldirilgan. Hatto Nimshayitning inisi Qadir Elimo Bayda tutib o'ldirilgan. Abdulla Davutovmi Baydan tutib kelingan. Bularning hammasi kitobga kirgizdim. Demak, bularning hammasining ismlari o'ldirilgan shu odamlarning ismlari biz bir-birlab to'g'izib men kitobimga hammasining nimasini to'g'izib chiqdim. Qaytadan Abdulla bu
akımız, Talip akımız bu adamlarning isimlaridan bir qismlarini beridi, qolganlarini to'liq bermaydi. Ama Lutfullah Mutalliblarning o'ldirilgan vaqtini 9-oyning 18-kuni deb berdi. Shundan keyin 9-oyning 18-kuni degan bu atalg'u jiqiyaliga singib ketdi. Lutfullah Mutallib qachon o'ldirilgan desa, Aqsudagi yoshlar jaduga besib 9-oyning 18-kuni 45-yil o'ldirilgan degan narsa singib ketgan. Amaliyotda Lutfullah Mutallib boshliq Sharq Turkiston yoshlar uchqun tashkilotining 37 nafar a'zosi bu Lutfullah Mutallib, Abdullah Davud, Munirdin Xo'ja, Bilal Azizi qatorliq va boshqa hammasinin ismlari bor. Bular ikki bo'lakka bo'linib o'ldirilgan. Birisi 1945-yili 9-oyning 8-kuni o'ldirilgan. Mening bekitib chiqishimcha birinchi turkumda. Bu dal Sopaxon Sovrov, Qasimjon Qambari, Abdukarim Abbasov, Damulla Razi boshchiligidagi 150 kishilik Sharq Turkistonning janubda jang qilg'uchi partizan milliy armiya partizan atriti Ilxon To'ra, Ahmadjon Qosimiylarning buyrug'i bo'yicha nimadan o'tib, bayning qiyirdan tekas orqali tushib, Muzdavondan o'tanmaydi. Bayga tushib, baydan Aqsuga kelib, oldi bilan Konishani ozod qiladi. 9-oyning 2-kunida ozod qilgandan keyin ondan ular Aqsu shahriga hujum qilib, Aqsu shahrini qo'rshab oladi. Bu 9-oyning 7-kunida Ro'zayit bo'lgan kunisi. Ben Ro'zayit kuni deydi. Men shu vaqt islom kalendarini aniqlab chiqsam, 9-oyning 7-8-kun dunyoning yerida o'xshamagan darajada 2 kunda bo'pti. Bizda 9-oyning 7-kuni, 8-kuni Ro'zayit bo'lgan kunisi bular qo'rshovni beka qilib namoz o'qigani ketib qopti Konishaga, bu partizanlar. Shu kechasida bu Lutfullah Mutallib boshliq Sharq Turkiston yoshlar uchquni tashkilotining a'zolarini oldi bilan 45-yilning taxminan 7-oyning oxirlari 8-oyning 5-ida 8-oyning shu bosh qismi partizanlar bayga tushgan chaqda qiyirdan o'tib, shu vaqtda daral bularning hammasini tutqun qilgan, bular moslashib ichki jihatdan qo'zg'alon ko'taradigan bo'ldi deb. Ularning chunki ichida ularning nima qilmoqchi bo'lganligini jasuslar orqali biladi. Uyg'urning beshiga chiqqani jasuschimi? Butun hayoti jasus beshiga chiqadi. U jasuslar Uyg'ur yuziga yuz sotadi bu jasuslar. Boshqa millat emas. Uning hammani bilib turgan bular, hammani bilib turgan. Shu vaqtida andan buning hammani tutadi. Uchturpandagi avo Sharq Turkiston yoshlar tashkilotining uchqunlarning Uchturpandagi sho'basini tutadi, Baydikisini tutadi, Konishadikini tutadi, hammasini tutib solaydi. Mana shu vaqtida bu Lutfullah Mutallibni 9-oyning 8-kunida birinchi turkumda 10 necha odamni Bilal Azizi, Munirdin Xo'ja boshliq 10 necha odamni 9-oyning 8-kuni partizanlar Aqsuni beka qilib ketgan kunisi o'ldirdi ekan. Anadan keyin 9-oyning yana qaytadan qaytib kelib Aqsuni qorshab oldi. 9-oyning 14-kuni tuyuqsiz Aqsuni qo'rshovga elayotgan bu partizanlar Sharq Turkiston milliy armiya bu partizanlar tuyuqsiz Kucha tarafdan Xitoy qo'shinlari kelyapti, ikki tarafdan bostirib kelyapti degandan keyin tuyuqsiz bular amal yo'q. Yana qo'rg'on, ilg'i chekindigan tog' taraf bu. Shu yoqqa chekinishga majbur bo'ladi. Bu chekinishga majbur bo'lganda Aqsu shahridagi Gomindangning qo'rshoviga ilingan askarlarning hammasi sepildan chiqib ularga hujum qilib, Konisha hamma joylarni ishg'ol qilib, burun Sharq Turkiston partizanlarining qo'llagan odamlarni etib tutib o'ldirib hammasini jazolaydi. Ammo bir hafta o'tgandan keyin yana Sopaxon boshliq bu Sharq Turkiston partizanlari qaytadan yana hujum qilib, yana Aqsuga kelib Aqsuni qo'rishgan kuni shu kechada 9-oyning 21-kuni kechadan 22-yilga o'zgirdan kechada andan Lutfullah Mutallib boshliq Bilal Azizi 20 necha yosh 30ga yaqin odamni ani kechada elib chiqib, kechada andan o'raklini qo'llab bo'lgan. Shu yerda anadan Sharq Turkiston armiyasi bu Aqsuni qo'rshovg'iliqlik sepilning atrofida o'q ovozi anglanib turdi. Mana shu yerda andan Lutfullah Mutallibni shu yerdan Javxanchi, shu Aqsudagi 5-otliq polk deydi, Gomindangning mudofaa shu qo'mondoni. Shuning boshchiligida andan aniq ma'lum dokument asosida ilqi Uyg'ur avo xoinlarning keyin 55-yilda o'zi qatnashgan voqeani so'zlab berishchi bo'lgan tekshirish ma'lum. Menlik to'qigan narsa emas. Shu xotirdan qaraganda shu yerda andan qator to'g'izib qo'yib, Javxanchi
Lutfullah'dan soraydı ekan. Aniq faktda. Sen yaşkense, қолаңдан жықыш келеді, қалам егесе, сен yazgıcı dаңлық Uyghur халқының. Келгісі Uyghur халқы үшін жықышланы қыла алайсың, сен yolыңдан ян, sen bizге тәсілім болсаң, болды қылсаң, сен аят қалыса. Жықышларды алдыңда аран yaşkensen дегенде, Lutfullah Mutallib тыллайды екен оны. Мен янмаймен, азаттық үшін, мен женім пида, нем қылсаң қыл деген, әлі халықшы тақалған раваятлар, рас еріма, мұша әмді. Бұны дегенден кейін Lutfullah бірінші olып, андын Jauhanchiyin тыллайды. Ama hatırda qandaq haqaret sözünü işletdi, o yazılmagan. Çoxum әмді Ақшы Көкшінің қошып дегенде eniq әмді еді. Şunu çıkarıp tapançı olab, birinci olab Lutfullah'ını atıdı. Etip, ana degan qağallarını çanap öldürüldü. Şunu ola andın bunu öldürdü. İlgirkin Aksu'da andın 9. ayının 18. gün Uşturpan'da Seyit Abbas, Artık Abbas başlıq, Abdülkerim Abbas'ınki inillerinin 14 yaş, hemimiz oqtuqçı, ziyali. Hemimiz ziyali cuma oqtuqçı, başlangıç mektebi oqtuqçıları. Ulanı andın Aksu Uşturpan'ın sepilinin içigisi olab, sepilinin içinde öldürdü. Öldürüp, birisinden tişide öldürdü. Uçakda Uşturpan'dan Qashqa qaçmaq joğa vaqtı Xitaydan qaytib kelip, şunu olan bu tragediya tügeydi. Әмді qaynam örküşüde demek, bu jarayonlar men degandek tafsil şekilde bolmagan bolsa, ama tarixiy chilliq bo'yicha asosiy ko'rinishini nayta to'liq yoritib bergan. Biz endi uni badiiy shakldan emas, tarixchilik prinsip bo'yicha mol material dokument asosi bo'yicha uning yana bir ko'rinishini o'zimiz ilmiy nuqtadan yoritib, uni to'liq qildik. Endi bu Aqsu'dagi urush, Sharq Turkiston armiyasining bu Aqsu'ga ivetib, bular 45 yılının 11. ayıga kelganda 10. ayda tuyuqsiz Aqsu'ni qorshab turgan bu qo'shinlar hammasi tuyuqsiz ilg'i chekinishga majbur bo'ldi. Bu Lutfullah Mutallibni qutuldiranmidi, bularni o'lab ketdi, uningdan boshqa 300 dek odamni qirib etdi, shu tashkilotlarga bog'lab, Jauhanchi bular hammasi ketdi, oqidan qo'g'ildi. Buning arxa ko'rinishi nima deganda, bu Aqsu'dan chekinish buyrug'i kelgan chaqda Aqsu'ni qo'rshagan bu partizanlar qat'iy unamagan. Nimishki chekinimiz bu Aqsu'ni olay deb qalsaq biz, yilimi bir oydan buyon bu yana qo'rshavyotimiz, 1,5 oy biz ololmadik. Oxirgi jon tikib elishimiz deb unamaganda, oxiri yana yuqorining buyrug'i, harbiy buyruq mangmisaq bo'lmaydi deydi. Bu Sopaxunning biz ketgan kechiklardan bor. Uningdan boshqa mening qo'limda 20 dak shu vaqtdagi Aqsu urushi qatnashgan Uyg'urlarning ham Aqsu sepilining ichidagi Gomindanning Uyg'ur askarlarining aslimasi bor. Aqsuga qorshab hujum qilayotgan Uyg'ur sepilining ichida Gomindan uchun jon tikib elishayotganlarmi Uyg'urda? Mandaq. Ularning jiq hikoyalari bor, adam nomus qildigan hikoyalar bor, Uyg'ur bo'lib qolganligidan hatto uni. Men kitobni 8-tomda o'qisanglar, shundan ko'rasizlar jiq naslni. Shuning bilan bu Aqsu andın Stalinning buyrug'i tegitek naganda. Bunun hammasi da G'uljida shu vaqtda Sharq Turkiston hukumati Ilhon To'ram başlam 44 yılının 12 ayının oxirlarida Moskva 2 generalni evatdi, 5 kishilik vakillar o'miga G'uljida to'di, ular G'uljida turib Sharq Turkiston hukumatiga bosh maslahatchi bo'ldi. Harbiy ishlar orqadagi 45 yil 4 oy 6 oydan boshlab harbiy ofitserlar keldi, cheniqtirishga boshladi. 45 yıl 6 ayının oxirisidan boshlab qurollar keldi, o'q to'g'rilar Sovetdan. İli Shixovo Shimoldi front, O'rta front, Janubdagi front kimi evatga adam 150 adam. Mana mushu butun jarayonlarning hammasiniki yana bir yoqdan olganda bu Sharq Turkiston hukumati Sovet ittifoqining shu maslahatchilari bilan maslahatlashib bo'lgan ish. 45 yil 7 oyning maxfiy Sovet arxivida deyilishicha, kitobimda bor, men yenimga ilib olgan, bo'pti men amma chisla esimda bor. 45 yıl 7 ayınınki 3. gündeki G'uljidagi Sovet ittifoqining Sharq Turkiston Cumhuriyeti turishliq bosh vakili general Ignarovning Sovet ittifoqi rahbari Stalin Beriyaga yo'llagan dokladida Ilhon To'ram biz bilan hozir urushyotidi, jidal qilyotidi. U nima uchun sizlar inqilobni bizning janubni kengaytirishimizga ruxsat qilmaysizlar? Nimishki bu shimolda cheklab qo'yisizlar? Qashqada urush qilish kerak. Oldinlar Qashqani ozod qilsak butun janub ozod bo'ladi. Shuning uchun men Qashqaga boraman. Biz Aqsu tarafga biz bir brigada askari evatayli deyotdi. Qanday qilamiz degan savol bor. Moskva buyruq berdi bunga.
Анан кийин 7 айнын 18-күндө андан Янайлык генералынын юқоры Москвага жоллогон махби телеграммасы дейди. Biz Janubga ivatadigan, Aqsuga ivatadigan partizan ətirtin təşkillədik. Bularning sani 150, bunun içində Sopaxun degan. Uyg'urlardan faqat 1-2 adamning ismi Moskvaga yollangan Stalinga. O hamma adamni yollab o'tmaydi-chi ular. Surbiyev deydi, Sopaxun boshliq, asli Gomindanning 90 askari. Gomindan askarlar bular keyin Sharq Turkiston tarafga o'tgan. Bular hammasi Aqsulik, Qashqarlik askarlar Janubda jang qilish uchun o'z yurtidan bo'lgan askarlar jang qilmasa deydi. Ayadik adamlar ilidin kelganligi agashmaydi deydi choyliqqa. U chaqda Uyg'urning kallasi jutbozlik ig'ir-g'o u vaqtida. Ben palaniyalik deb. Aliqa bu hozirmi bor bizda nomus qildigan bir ish bu. Beshiga chiqqan bir opat hamda Uyg'urning beshiga Ahmetjon Qosimiyning bir so'zi bor, qo'shimcha masalaga askartib qo'yay. Biz Xitoylarni yengalaymiz deydi, dushmanlarni yengalaymiz deydi. Yengen deydi. Lekin ittifoqsizlik bizni yengidi, har qachon yengib ketadi degan so'zi bor. Şunun o'xshash Stalinga yo'llagan dokladida ana shundoq deydi. Biz mana mushi qo'shinni evatmasak, Janubda jang qilinmaydi. Bularning maqsadi partizanlik urush qilish, ularning Aqsuni kengaytib, butun joylarni ozod qilish emas, bularning plani deydi. Demak, shu plan bo'yicha uni a'la uqmaydi, ichki jihat Allahning qo'sqidagi chotoni bilmaydi-da, aqib turib-atqanlar. Ishki o'zining maslahatchilarini qo'shib 150 odamni evatib, Aqsuda jang qildi, aqidin hech qanday yordamchi kelmaydi. Her bir askerge 70% ok, işkiden kol bombası, andın 150 adamda 9 tane pulemyot var, hiç qanday kural yok. Şu kural bilen Janubda jang qilinglar Aqsuga deb evatkanda bularni aqidin qayt adam evatib bizga yordam beringlar, askar evatinglar. Biz Aqsuni qo'rishib oldik degandim G'o'ljidan Aran Mirzagul Nasirning bir 450 kishilik bir atirti boy tarafga tushib, jang qilgandan boshqa hech qanday yordamchi qo'shim kelmaydi. Qammay axir bular soqshaydi, o'qtori yo'q. Hatto shu Aqsudagi janglarga qatnashgan bir cho'ng bir shohid bilan mening o'tkazgan suhbatimda deydi. Biz eng oxirida 3 kunlab och qoladigan darajaga yetdik deydi. Bu inqilob g'alaba qilmagan sir oqiga chekidigan sir deydi. Bizga burni qo'llab agashgan xalqmi asosida yonib o'tib ketgan turdi deydi. Shuning bilan bizga qo'rishavga olsaqmi, bizga yetkazadigan osh yo'q deydi. Yemak yo'q. Shunda holat bo'ldi deb degan. Qısqası mana Sovetning oxir buyrug'i, Xitoy bilan bo'lgan suhbat boshlanishi, mana shu natija bilan Urumchi suhbatining boshlanishi, buningga to'g'ri kelgandan Aqsudagilar qat'iy chekininglar degan shu buyruqlar bular amal yo'q. Andan Muzdavandan o'tib, xuddi monastiriyasi to'xtab qolgandek, oldilar monastiriyasi to'xtadi. Andan Aqsudagi qo'shinlarni chekindi, andan Toshqo'rg'on, Qashqa bu yoqdami qo'zg'olon kengayib bo'lgan vaqtida. Qashqagacha kelgan qo'zg'olonchi qo'shinlar. Ularni chekindi. Şunun bilan inqilobning birinchi bosqichi, ya'ni shu Stalinning o'yini bilan, tragediya bilan bu oxirlashdi. Endi Abdulla Talib bu jarayonlarni albatta bir-birlab uni dokument asosida tasvirlamaydi. U vaqtlarda unda dokument yo'qdi. Maxfiy dokumentlarni keyin biz Allohning irodasi bilan biz ko'rishga nasib bo'ldik. Uni kitoblarimizga kirgizdik. Agar u odam hayot bo'lib qolgan bo'lsa, shu tarix dokumentni qo'liga bergan bo'lsam, balkim uni boshqacha yozgan bo'ladi deb o'ylayman. Demek Lütfullah Mutallib tragediyasininki tegi yana bir yoqnaganda mana shu vaqtdagi Sharq Turkiston inqilobining birinchi bosqichidagi Moskva aqida tug'an ashu o'yinlarning siyosiy o'yinlarning qurboni. Yani nurg'un narsalar bor, albatta bizning vaqt e'tibori bilan buningdan kengaymayman. Endi romanni tasvirlaydi, bir qancha jasuslarning ismini ataydi. Anakin Dilbar deydigan bir qahramon qizninki hikoyasini tasvirlaydi. Shotiliq Lutfullah Mutallibni ozod qilish uchun shoti bilan hujum qilgan voqeani tasvirlaydi. Shu jangda Dilbar degan qizninki qurbon bo'lganligini yozadi. Endi bu Dilbar degan qizni keyin men aniqladim, jiq surishtirish orqali Dilbar emas, Oyshamxon deydigan bir qahramon qizning bo'lganligini Xitoyning qo'liga tushib qilib, taslim bo'lmay, oxiri jallodlarning qo'lida qilich bilan chepib o'ldirilganlik hikoyasini aniqlab bekitdim. Shu kitobimning 8-tomida bor, Oyshamxon qahramon. Lekin u Oyshamxonni keyingi vaqtlarda hech kim bilmaganligi uchun nomsiz bo'lib qilib, sepilning ichida Xitoyning qo'liga tushib, u yerda taslim bo'lmay, oxiri o'lgan. Bu hikoyani hech kim bilmay qolgan. Keyin bu aniqlab chiqilgan. Shunga Sharq Turkiston inqilobida kim qahramon desa, hammadan Rizvongulni qahramon deb bilgan, amaliyotdan yana qahramon qizlar o'tgan u. Yolg'iz bir donlam Rizvongul emas, u simbol endi. Oyshamxon fojiasimi Dilbar degan shu Abdulla Talibning romanidagi Dilbar, bu asli Oyshamxon. Bu tekasdan qatnashgan, qo'shinga kelib, Aqsu urushiga qatnashgan, fidoyi bo'lgan,
shafqat hamshirisi bo'lgan. Bu eng oxirida 14-isla Milliy armiya bir qatim chekindigan chaqda bir odam og'rib qolgan buvayning uyiga kelib, uning dori bagini kelgan yerda qo'shinning chekinganligini bilmay qilib, uning uyida yoshirinib tursa, xoyinlar pash qilib qo'yib, "Ma uyda bir il o'g'risi bor" deb tutib bergan. Il o'g'risi deydi-ku u chaqda janubdagilarga endi taqatgan. Shuning bilan ondan gomindan ularni tutib kelib, sepilning ichida ondan u qizni qiynaydi. Qiznab eng oxirida bu taslim bo'lmagandan keyin u qizni qo'llangan chora bir tungan ayolning yeniga qo'yib, uni yasandırib, shuningla u tungan, "Sen musulmon, biz bir musulmon ekanmiz, nima qilasa 22 yoshga kiribsa, jiningni qiynab, taslim bo'lmamsa, ularimiz chekinib ketdi, biz bilan birga o'tmamsa, mana yaxshi kun ko'rsa" deb xizmat ishlasam, o qiz taslim bo'lmaydi. Eng oxirida Javxanchi buyrug'i bilan buni chipib o'ltirish kerak qilich bilan deb shundan bir kun buyruq bilan buni andan o'zining Uyg'ur askarlari va Aqsu sepilining ichidagi 1000 ga yaqin Gomindan Xitoy askarlarining 600 ga yaqini Uyg'ur. Juma Sopaxunning Sharq Turkiston partizanlari Aqsuni qorshab jang qilyapsa, sepilining ichida ashnan qarshi tig'mitiq jang qilgani ashu Gomindanning Uyg'ur askarlari. Uning ichida Haki deganni qaynam o'rkishida tasvirlaydi, ismini alaydi tasvirlaydi. Haki degani sepilda shotli chiqqan jangchilarni shotisini ag'dirib etib yo'qotib, g'alaba qilganligi uchun keyin jang keyishi uning qahramonlik ordeni olgan. Demak, Aqsu urushlarda ichidagisi ikkisi maslasa birdamda ozod bo'ldigan ya. Bir yarim oylar aql so'zlab mag'lub bo'lishda Gomindanning kallasi juyilgan, o'zgarib ketgan, hech dunyodan bexabar ongsiz odamlari Uyg'ur askarlarining jon pedali bilan jangimi bu yerda muhim omil. Unchalik ko'p Xitoy askari yo'q. Bu Ayshamxonni anikin sepilning ichida yalab o'pmengib yo'qtirgan yerda andan yana bir qatim xizmat ishlaydi ekan. Taslim bo'lamsa, taslim bo'lsang hayoting saqlanadi degan chaqda avo ashni o'ltagan, ashni qilich yo'l chanagan Gomindanning Uyg'ur askari 80-yillargacha Aqsuda yashagan. O 50-yilda o haqiqat qaytgan askar bo'ldi-da Gomindanning 50-yillarda. Tavsiyoning askarlari bo'ldi, haqiqat qaytgan. İsmi haqiqat qaytgan deydi, taslim bo'lgan. Ularni hamimizning ular keyin lishu bo'ldi. Hukumatning pulini hep yaşaydı keyin ular. Bu adam 80-yillargacha yashagan, 90-yillargacha o'zi bo'lgan voqeani keyin so'zlab bergan, xotirasi bor, xotiralari turibdi mening qo'limda. Ayshamxonni men bunda o'ltirgandim deb berdi qiziq yerda bulatdahi. Shu yerda ondan taslim bo'lsang hayoting saqlanadi deganda deydi. Jinim aka, sen bunda gapni dema. Men Qur'onga qasam qilgan deydi. Men Sharq Turkiston yoshlar tashkilotining a'zosi deydi. Men qasam qilgan, men qasamimdan yansam bo'lmaydi. Men o'lishim kerak. Sen qo'rqmay chanamin deydi. Shuning bilan Ayshamxonni chechi uzunkan, chechini qarib turib kallasini oldim deb o'zining hikoyasini o'zi so'zlab berdi Uyg'ur. Shu hikoya bor bizda. Manda qahramonlar bor, taslim bo'lmagan. Bu tarixda bilinmagan mana bu qahramonlar. Abdulla Talib akamiz bu voqealarni bilgan, lekin ismini Dilbar deb olgan. O irimi, uning iri va o irimi milliy armiya qatnashgan, u jangchi, u saq g'uljiga ketgan, ammo 47-yili Oltoydagi so'qishda Osmon bilan bo'lgan, Osmon Botir bilan bo'lgan so'qishda u 47-yil o'lgan ekan. Demakki, Abdulla Talib qaynam o'rkishdan mana shunday voqealarni to'liq bo'lmasin boshqa shaklda tasvirlaydi. Çalıdekkan o'q romanimi, demak, Aqsu urushininki davomi. Buningda Irpon bosh qahramon Çalıdekka o'qni ikki yerda tasvirlaydi. Birisi shu vaqtda 45-yil 4-oyda Urumchidagi yoshlarning, Uyg'urlarning, ziyolilarninki ham Gomindanning Shingsayning harbiy maktabida o'qiyotgan o'quvchilarning Sharq Turkiston qo'zg'olonchilar qo'shinlari kelsa biz Urumchida moslashib qo'zg'olon ko'taramiz deb qurgan maxfiy tashkiloti bor. Buning ismi Bahar tashkiloti. Bu tashkilotninki a'zolarining 45-yilning 5-ida pash pop qilib xoinning bularning hammasi qo'lga ilindi. Buning ichida Kenji deydigan birisi shu pash qilgan xoin bilingandan keyin shu xoinni otqini ichqiman deb ichqib o'qni xato etib qo'yib, chali etib qo'yib o'qni o'lmay qilib bu xoin qutulib chiqqandan keyin butun tashkilotni pash qilib o'tadi. Shu kechasi hammasi tutildi, Kenji tutildi, Kenji tutulib Kenjini Urumchida jadu bilan chanab o'ldirdi. Buni chaltakkan o'qni o'qisanglar, ash tasvirlar bor. Irpon hamda shu voqeaning ichidagi odam, bu rost voqea. Bularning hammasi rost voqea. Sayfiddin Azizmi o'zininki mushu voqeani azroq
aslimisida so'zlab o'tadi. Biz buning tarixini biraqor tekshirib aniqlab chiqqan. Kimlar bor buning ichida Kenji degan bular rost bo'lgan odamlar hammasini yezib chiqqan buni. Anadan keyin Irpon bu Aqsuda boyga kelgan Sopaxun partizanlari atrofga qo'shiladi, Aqsu urushi qatnashadi. Eng oxirida Aqsudagi jarayonlarni tafsil yozadi, Aqsudan chekinib, anadan keyin bularning chekinganligini bilgan Gomindan askarlarining orqasidan tuyuqsiz hujum qilganda so'qishib oxiri o'q tegib, o'zi dushmanning oldiga qo'l bombasini tashlab, o'lib shuning bilan o'lish oldida ey es chalib tekkan o'q degan gap bilan Abdulla Talib chalib tekkan o'q romanini tugitdi. Demek bu nait çoğun bir siyasi nimege uğraşkan, bunun tigide demek mükemmel elip verilmeyen bu vakala aynı vaxtdagi inqilablar mükemmel bulmaganlığı türlük sebeplerden bu inqilab ana aşındaq yerim yolda tügidi demekçi. Oğunun bir adamı çalı tigip qilish emas. Mana bu Endi Abdulla Talib romanının yeni bir alaydılığı bu nima haqida? İgerlik ad. İgerlik hattınki tarihi çıllığı yani qanchalik reallik asası, dokument asası degan mesele var. Bayatın Raila Hanım ait obdan tasvirlab o'tdi. Qo'chqari palvon bu. Men oldidan buni ko'rsatay sizlarga. Mana bu kitap faqat mushu yig'inga ulgu etib besilib chiqqan kitap. Bu Uyg'ur umumiy tarixininki 6 tom 3 kitap. Stalin Shin Kulangus ostida Uyg'ur Milliy Gullanish harakatlari va Sharqiy Turkiston 570 necha bet. Buningda 1934-yili 7-oyda Xo'janiyaz hojimning o'lkaga muavin raisi bo'lib, Sovetlarning o'ttirg'i tushishi bilan Mahmud Muhitini Qashqarga tashlab, Urumchiga berib o'ttirgandan keyin tak 37-yil 10-oyda turmaga solang'ich Shing'say tarafidan qo'lga iling'ichi bo'lgan oraliqdagi 3 yil jarayon. Şu jarayonda bana bu Mahmud Muhitinin harakatlari, faoliyatlari Qashqarda, anadan keyin Abduniyaz Kamalning 37-yil 4-oydagi qo'zg'alani oxiri 10-oyda o'lib ketishi mana butun jarayonlar mana mush kitobda 150 bettek tafsili yoritilgan. Bu Uyg'urlarning aslimalarim bor, buningda manbalar, lekin bu shu vaqtdagi 34-yildan bu 40-yillargacha bo'lgan Urumchidagi Shing'say hukumati degan amaliyotda o Sovet ittifoqining bir qo'rchoq hukumati shu tegitakini olganda. Butunlay shuni og'ziga qaraydigan hukumat, uning harbiy komandirlaridan tortib hammasi shu, hatto Mahmud Muhitininki Uyg'ur 6-diviziyasi deb o'zgartgan asli Sharq Turkiston Jumhuriyatining qo'shinlari. Xo'jamesh Turpandan chiqqan qumul qo'zg'olonchilari va aslida. Keyin bu Shing'say 6-Uyg'ur diviziyasi deb o'zgartgan, uning baş məsləhətçimi Ribalko bu degan Obuxov degan Sovetning məsləhətçiləri var şu Mahmud Muhitinin yendimi. Hamda şu Abduniyaz Kamalninki 37-yil 4-oyning 1-kunda Mahmud Muhiti Qashqardan ayrıldı, Hindiston olmangdi. Asli tarixiy manba bo'yicha olganda Mahmud Muhitining asli birinchi plani Hindistonga chiqib ketish emas aslida. O Qashqa qatma-qat Qo'rshovda qolgandan keyin jasos bularning ichida oldida o'zi chiqib, shu Kachong Yakan tog'lari atrofiga borgandan keyin oqidagi bu o'zining qo'shinlarining odamlari agishma, uni ishga jihati pachlab bo'lgan Shing'say. Urumchiga kirib o'qitib qaytirib ularningki 4 polk askar bularni yiqqandan keyin qo'zg'olon ko'tarmoqchi bo'lgan. Lekin u yerga borgandan keyin oqisidan agishib chiqqan qo'shinlarning soni ko'p emas. Şu vaqtda Mahmud Muhitining Uyg'ur 6-otliq diviziyasi 5000dan tömüngacha bo'lgan adam 4 polk hamda 31, 32, 33 polk deydi, 34. Bu polkning ichida 2 polk Qashqarda qolgan, 2 polk teshig'iga chiqqan bu Abduniyaz Kamal. Maqsad ash qo'zg'alish bular. Eng oxirida Kachong atrofiga keladiganlari shu 1500 dak odam keyin aqldan bir-birlab Qashqardan chiqib, ular qo'shilib oxiri 2000 dak odamga yetgan. Mahmud Muhiti ketidamdi, nima Hindistonga ketdi. Hindistonga ketgandan keyingi chegarada tutilib qolishi, Hindistonda uchragan ahvollar hammasi bu yerda bor. Ondan 37-yili 4-oyning 14-kuni Sovet hukumati Stalin bizning bu ishlarning hammasiga bevosita Stalin o'zi qo'l tiqdi, o'zi aralashig'liq. Elik ba'zilar o'ylab qolishi mumkin Stalin deydi. Sovetning eng oliy rahbari, demakki bizning Sharq Turkistonning butun siyosiy taqdiriga o'zi bevosita oldiga hujjatlar kelib, shu kundalik hujjatlarni o'qib bejirdigan darajada bo'lgan. Shu vaqtning o'zida Stalin 4-oyning 14-kundagi yig'inda, siyosiy byuro yig'inda
bu Mahmud Muhitini eng yaxshi xizmat ishlab qaytirib kelinglar. Uyg'ur askarlarini qaytirib kelinglar. Bularni chet elga chiqib ketishiga yoki isyon ko'tarishning oldini olinglar deb maxfiy buyruq bergan. Ammo oqidan yana kelgan buyruq bo'yicha olgan chaqda agarda Uyg'ur askarlari Mahmud Tungan Maxusanning territoriyasini o'tib qolsa, Mahmud Muhitila uni darhol tutinglar, Uyg'ur askarlarini qo'lga olinglar degan buyruqni bergan. 37-yil 7-oyning 31-kundagi siyosiy byuroning yana bir qarorida darhol qo'shin kirgizib 2 polkni bu Uyg'ur diviziyasini butunlay yo'q qilib tashlanglar degan buyruqni bergan. Demakki, Musha Abduniyaz Kamalning qo'zg'alishi nurg'un voqealarni Raila Kamal xonimni aytib yaxshi deb berdi. Shuning uchun men u jarayonlarni demay, Abdulla Talib shu jarayonlarni aytib yaxshi yo'ritib berdi, ammo uning oxir ko'rinishida shuning bilan 7-oyning 31-kuni kelgan chaqda amaliyoti 5-oyning 5-i 6-oyning 5-ida 7-oygacha bo'lganlikda Abduniyaz Kamalning qo'shinlari Maralvishni elib, Qashqarni egallab, Maxusanning bu Xotandik askarlari bilan birlashib, Maxusanning askarlari deganda nurg'un odamlar xato oldi, hammasini Tungan deydi. Xotandiki Maxusanning 9 mingdan 13 minggacha askar ko'paytgan. U askarning yarmidan ko'pi Uyg'urlar. Amaliyotda shu, komandirlar Tungan, hammasi Uyg'urlar bo'ldi. Asosli Xotanlik askarlar ko'pay bular. Shuning bilan bularni birlashidi, bular birlashib isyon ko'taradiganga ma'qul deyishidi. Şu vaqtning o'zida 37-yili 7-oyning oxiri 8-oyligiga kelgan chaqda asosiy jihatdan Aqsumish kuchog'icha bo'lgan joylardan Xitoy Shinsisay askarlarini butunlay tozalab bo'lgan. Bu ikkinchi qatimliq Sharq Turkiston milliy ozodlik harakati, inqilobi bu. Urushi bu cho'liqi isyon emas, yoki u narsa emas. Ularning maqsadi Rus arxivlarida bularning maqsadi Uyg'ur davlatini qurish deb ataydi ularning. Ular rasmiy Abduniyaz Kamallar mandaqlik qo'zg'alan emas, u rasmiy bir davlatni asliga keltirish, bir davlat qurish nishoni bilan o'ttirga chiqqan. Ularning siyosiy arq ko'rinishi ma'lum. Albatta Abdulla Talib uni undaq shaklda tasvirlamaydi. Sovet tarafning maslahatlashidi Qashqarda, ular bilan so'zlashidi, bu jarayonlarda Sovet tarafning oxiri chiqqan qarori bularni yo'qotmasak bo'lmaydi deb, shuning bilan 7-oyning 31-kundagi qaror bo'yicha Muşu Naren, Qırğızistan tağlarida tayyorlab qo'ygan qo'shin bor. Bir diviziyadan ortiq 4 polk, 8 polk hisobida 2 diviziyaga tava otliq piyoda qo'shinlarni 9-oydan boshlab andin Maralbeshi tarafga, ama o Erkeştam tarafdan, andin Ushturban tarafdagi tog' tarafdan bu yerdan qo'shinlarni kirgizdi. Andan keyin 25 aeroplan, 43 aeroplan bilan. Andi yana 25 dana tank qo'shinini kirgizdi. Moskvadan yo'tkab kelib, shu Pamir tog'laridan tanklarni to'shiydi bular. Akilib mana shunda zo'r qo'shin bilan bu Abduniyaz Kamal andin Maxusanning qo'shinlari bularga qarshi umumiy hujum boshlaydi. Shinsisay armiyasi tanklanmagan, mumkin emas Xitoyning tankilishi. Shinsisay tugagan vaqtda, Urumchi lingishib qolgan vaqtida Sovetlar mana shu qo'shin bilan jang qilib, ular so'qishib eng oxirida andin 45-yilning 37-yilning 10-oyida andin bu Uyg'ur qo'shinlarini shu aeroplan, bu qurol yo'q ularda. Odam soni ko'paygan bo'lmasa, ba'zi manbalarda 50 mingga yetdi deydi. Bütün odamlar pidoyi bo'lganmish Aqsu taraflarda bo'lib. Avat bu yerlar. Lekin Sovetning aeroplanlari to'xtamay kelib bombardimon qildi, pulemyotlar bilan qirdi. Ularda undaq narsalar yo'q. Albatta, Kelpin atrofida bir aeroplan etib tushgan voqealar bor. Lekin umumiy jihatda Sovetlarning uchoqda harbiy kuchi kuchli bo'lganligi uchun bizning odamlarning unda qurol zavodi yo'q, shunam o'qdor zavodi yo'q. Shu bor narsa elishida oxirida andin kuchli shu Sovet armiyasining qirg'inchiligi bilan ular andin mag'lub bo'lib, andin chekinib shu jarayonda bayatın deyilgandek Uyg'ur aslimlardagi sizning keltirgan manbalar. Ammo Angliyaningki konsulxonasining Qashqardagi egalligiga uchurda Abduniyaz Kamal aşılar şu urushda o'ltirildi degan uchurni egallagan Angliya konsulxonasi. Londonga shuni report qilgan. Sovetninkidimi Abduniyaz Kamal o'ltirildi degan. Shu yerda asirga tushib Urumchiga ketish yo'q. Shu naq maydonda o'ltirilgan shu yerda. Ammo xalq rivoyatlarida taxi Urumchi turmida yotgani, masalan Ziyo Samadiymi o'zining romanida Ahmad Efendimning Urumchidagi turmida Abduniyaz Kamal bilan ko'rishganligini tasvirlaydi. Har xil rivoyatlar bor, ammo o'ltirilganligi Angliya konsulxonalarining egalligini uchuri ularlik
çoğun tekşürüşten keyin çıkıdı çoğu ayniklaş ula diplomatik noktadan. Andan keyin qaynam örküşü çalı tekken ok bulanı toluqlığımızda Abdullah Talib eserlerinin edebiyat noktasından, bədii zoq noktasından emas, onu kelgüsüdeki evlatlarımı bunu bir tarihi eserler şekilde paydalanışqa buludu. Elbette bazılar hem de tarihi romanlarının hemmisini tarih deb düşünüp aldıqallı ba. Aşınadık sözlegen kahramanlığının diyen geplerini rast tarih deyip aldığı aşıpa. Asli onda bulmaydı hem de o tokuludu. Bədii. Lekin Abdullah Talib'ninki eserlerini ben okuş jarayanda egerlik atni bolup çalı tekken okuş jarayanda qarasam elbette hem de adamlarning qapağını türdeyi, küldeyi, o bu degan tasvirleri ayrım bolsun. Lekin işletken söz ibarelari ularning dialogları nayt faktga uyguncho'ligi, ras sharoitga, o'zir to'qimg'anligi, ya'ni avtor o'zininki ideyasini, mavqesini aning bo'yniga atib so'zlab qo'ymaganligi bilinib turdi Abdullah Talibning ijodiyatininki. Şu anda Abdullah Talib xulosligimizda bizninki hozirgi zaman şu Uyghur edebiyatida, tarihi romançılığımızda hazırgıça 2016 yılgacha bo'lganlikda bizning aniqlashimizcha bizning vatanda 300 dana tarix, 300 dana roman yozilgan ekan 2016 yilgacha. Bekitganimizcha 2016 yildan keyingi o roman yozish mumkin emas. Shu burun yozganlar o solaqliq ular albatta. Hem de bunun içinde Kazakistan'da 80 parça roman yazılıptı Uygurlardan. Uygur yazgıçılarının Kazakistan'da 300 bin Uygur'un 80 parça romanı çıkıp poptu şu vaxtgacha. Ama bizim vatandaki 13 milyon, 20 milyona yakın Uygur'un hem 300 tane romanı. Bunun içinde 90 tanagacha roman tarihi romanken. Moş iki taraftaki romanlarının umumen 200 parçagacha romanның 90 neçe parçası tarihi romanken. Meyli Kazakistan, meyli nime vatanda bolsun. Okurmenleri en köp eserler tarihi romanlar bolgan bizniki. Şu anda Abdullah Talib mana şu tarihi romançılığımızın, Uygur tarihi romançılığının bolup mu Uygurlarning milli azatlık köreş tarihini yurtup berdigan, şununla begişligan eserlerinki aşu men dep atagan namayendiler qatardan orun ilişki tegişlik bir namayende dep keskin aytishga tamamen haqli dep şahsen özümni şunda qarayman. Ayni vaqtda biz vatan sharoitida hamma yerda uyg'ongan zamindan keyin uyg'ongan zamin Abdurahim O'tkirlik qizg'inligi yuqori ko'tarilib, Abdullah Talibning bu romanlaridagi bu burun chiqqanligi uchun uning hali shov-shuvi ancha bo'lmay qolgan aralıqda. Shunami? Nega bo'lsanglar uyg'ongan zamin keyin andan anı yurt qaplab ketdi yani. Shunami? Lekin davr vaqt sharoit bo'yicha olgan chaqda başlap bəgüçüsü kim o degan chaqda bularning başlap bəgüçüsü Abdullah Talib. 82 yıl qaynam örgüşünü o'ttirib chiqadi. Tarihi roman, albatta o nimaga selishtirmaymiz. Nim deymiz? Kurashgan yillar ayrim eser hamda albatta. Uni o'zingizga bog'li bo'linglar. Shu mening bugungi yipim mushinchilik bo'ldi. Rahmat har biringizga. Yana bir kitobniki, yana bir tomi. Bu da yeni chiqqan 2 tom chiqdi, ras. Bu da ulgu yutmishlig'inga bu 4-tom. Yani 1910 yıldan 28 yılgacha bo'lgan tarix qismi. Yangi Zangshingning 17 yillik Yilinayranlik boshqarish davri shu o matomda tafsili bayon qilindi 2 tom. Nebija akamga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Haqiqatan nayt mo'l mazmunliq atrofliq yaxshi so'zlab berdi. Endi navbatda bugungi sunilgan maqolaning keng oxirgi subtida Adiljon bu Konya Selçuk Üniversitetininki Türkiye Tadqiqot Merkezininki tadqiqotchisi doktor Adiljon Uyg'ur akamiz bizga endi xotirlashdan siyosati nima uchun bu tabriklash muhim degan temada shu sotsiologiya nuqtasidan o'ziniki tayyorlagan maqolasini o'qib berdi. Qanday rahmat. Assalomu alaykum. Hozirgacha o'qilgan maqolalar ichida Abdullah Talibninki hayotdagi asarlariga adabiyot nuqtasidan, ma'rif tarix nuqtasidan, tarix nuqtasidan, roman nuqtasidan qarab chiqildi. Men bir jamiyatshunosiy nuqtasidan qarab chiqmoqchi. Undaq deganda buni texnik yaxshi tushunish uchun bu leksiyani, bu fanzali qanday fan degan qisqacha bir tushuntirma, balki tushunish uchun balki nazariy asos yaratilishi mumkin. Ya'ni jamiyatshunoslik bir millatning qanday yashashini yoki shu millat tabi bo'lgan qadriyat yoki bizning tilimiz bo'yicha qimmat qarashlarini qanday muhofaza qilganligini, shundaqla kimligini hozirgi va kelgusi avlodlarga qanday yetkazganligini tadqiq qilgan fan
sahası intayin kengir bir pen. Onun için bizimki liksiyege, hazırkı paylaşıga bağlasak, yani bir millet ötmişini kanda hatırlısa, bugünkü ve kelgüsüdeki kimlikini şuna şekillendirdiğin bir nezeriye var. Ondan başka cemiyetler ötmişini kançalik hatırlayalsa, o özünün mevcutluğunu şunçak davamlaştıralım bir nezeriyem var. Yani demek şu oğlum, biz ötmüşümüzni kanç köp hatırlayalsak, ya kanç az hatırlayalsak, mevcutluğumuz şuna paralel olarak davamlaşıdı diyen gap. Bunun tədbir noktasına qarsak, hatırlamasak, unutup qalsak, mevcutluğumuz şekillenmeydi, ya davamlaştıramayız diyen gap. Ya ki kimlikimiz birisi toxtab qaldı diyen gap. Bu bir nezeriyevi asası. Ondaq da ben bunu 6 noktadan, cəmiyyət 6 noktadan düşündürmək için, birinci nokta biz hatırlaş deyimiz, işte Ərəb söz. Onun için İslami mənbələrdə zikirdə bir hukumumuz var. Biz devamlı zikirini işletken vaktimizde Allah'ın zikir kılıç, Allah'ın nimetini zikir kılıçla düşündürümüz. Ama bunu devamlı ben her zaman İslam'daki bu atalgılarını bizimki Uygur medeniyetine tatbiklaş taraftarı. Zikir şu Allah'ın nimetlerini hatırlaşan birge bizim tarihimizde ötken meşhur şahslarını, kaderiyetlerini, mühim nesillerini, hatta azap hükümetlerimizni hatırlayıp duruş diyen mani kildi. Hatırlaşan ameliyatı zikir, okşaş manada düşünsek buldu. Şunu değil, muşun doktoruna karar vaktimizde Abdullah Talip paylaştığını, Abdullah Talip'in esleşme, ameliyatı değil, şu Abdullah Talip yaşayan devir, şundakla oturup koygan, oraya çıkan bütün eserlerini bir kur zikir kıp çıkış, hatırlayıp çıkış. Del muşun doktoruna betkan vaxtıda bu paylaştığın ki Ahmet İntiha'nın çoğun deyip karsak buldu. Onun için ikinci nokta cemiyetşünaslıkta bir cemiyette ya bir milletinki kaderiyetler sistemisi oldu. Biz bunu kıymet kıraşlar tercüme kıldık. Xitaycının bir vaz tercüme kıldık. Jarjugan diye atalgıdın. Emniyette onunki Xitaycınınki manevi tarafı yok afıkımınki ama kaderiyetinki manevi tarafı var. Yani bizim dinimizde şundakla manevi dünyamız intihar maskildi. Özbeklerime kaderiyet de şil dedik ya bunu. Kaderiyet dediğimiz şu vapadarlık, onunki pidakarlık, tirişçallık yani bizimki maneviyetimizni tutup doğan şu türüklerde düşünsek buldu. Del, muşunu okşaş, meşhur şahslarını bizi üçün, Uygur üçün millet can köydürgen, Uygur üçün bir neslerini oturuş çıkagan, royap çıkagan insanlarını kaderleş, müşfaaliyetini kılış ameliyette bizimki kadercimiz nait mühim bir ufkum var. Vapadarlık, sadakatte. Del muşunga sadakatlik kıgan bulumuz, vapadarlık kıgan bulumuz. Yani muşu faaliyetini asasçı olan, mesela Turguncan Efendim ya başka kişiler ameliyette del, bizimki Abdullah Talip'ni hatırlaş arkalık, Abdullah Talip yaşayan şu devirge vapadarlık kıgan buldu. Şundakla sadakat gösterken buldu. Bizim şu tarihimizga sadakatli kılgan buldu. Ötmüşümüzge, tarihimizdeki meyli hain olsun ya ki meşhur şahslar olsun ya ki kahramanlığa sadakat yani şularını tarihimizde eslep çıkan buldu. Bu intihar mühim. Hemimiz məlum ki biz nime beşimiz kelgen bolsa çetelde bopma, çetelde vapasızlık sadakat nait tüven dep karayma. Bu neye yaptıysa biz de şunda tragediya bop ketti. Pasipistin insanlar intihar köp. Türkiye'de mi köp, Avrupa'da mı köpken, Amerika'da mı köpken. Pasif insanlar. Bu neye yaptıysa pasiflik diyen gap. Üzünüzün ötmüşke, tarihe, medeniyetine, ya ki meşhur şahslarınızga, ya ki sizin sızıklıgan şu neslige sadakatlik kılmazlık, vapasızlık kılıç diyen gap. Biz bilimiz ki köpüncimiz hem de şu devletin puhrası olduk. Bu puhralık kandak üzümüzdeki kabiliyet arkalık emez. Şu devletin bizimki siyasi ve izmi sebebinin birilgen vatandaşlık puhralık. Muş noktasını karsak mı millette? Biz del şu kan bedeli kegen şu vatandaşlıkka sadıklık kılamadık ya ki vapadarlık kılamadık. Bunda oğan dikin biz Abdullah Talip'le hatırlaş ameliyette nokuru murasım emez. Belki vapadarlık ve sadakatlik. Onun təsirinin bolsa unutuş. Eğer bunu unutup kalsak, hatırlaşmadı unutup kalsak, neyim olduğu vaxtıda xiyanat kılgan bulunuz. Tariximiz xiyanat kılgan bulunuz. Ötmüşümüz xiyanat kılgan bulunuz. Abdullah Talip qoxşaş, Uygur tarixdə, Uygur edebiyat tarixində, Uygur edebiyatı nəhayət zor, mühim şəxslərin ki, qılğan etkenlerini biz için götürgen capalarını unutup kılgan bulunuz. Bu en xiyanat. Yani Xitay'ın ki del talep kıldığında Uygurların unutup gitişi. Uygurların unutuldur için kılmağanlık kalmadı. Bu nəhayət mühim. Şu ameliyatı bu küçük paylaşta kürengen bilen sadakat. Yani Xitay'ın sen unutulduruş karşı bir üzümüzün medeniyetine, tarih şahsırga iyi çıkan sadakatle düşünsek buldu. İkinci mühim noktadan her bir kolektif hatırda mühim bir ufkum var. Yani kompüterin kanda yumuşak digital olan okşaş bir milletin ma yumuşak nime degen del kolektif hatırı. Biz bir insanın ki şahsi hatırısı buldu. Yani bizimki ailemiz, tuğulgan yerimiz, bana ait
Hemen narsa mening shaxsiy xotiram bo'ldi. Ammo shundaqla kollektivning bir xotirasi bo'ldi. Ya'ni hozir doktor Nebijan Tursun efendim boshqa so'zlab aytdiki, shu 100 yillik tarixni bütün narsa bizning shu xotiramiz, ya'ni o'tmishimiz. Shu dal bizning kollektiv xotiramiz. Mushni faoliyat orqali biz qisqacha o'yinib chiqqan bo'ldik. Agar bu faoliyat bo'lmagan bo'lsa, biz kollektiv xotiramizni hargiz qisqa faoliyat orqali bilinmaydik. Shunga kollektiv xotira ne kuchlantirish uchun nihoyatda muhim bunda faoliyatlar. Ya'ni bizningki shu 100 yillik tariximizni canlıq tuttu bugungi faoliyat. Qaytadan bir yengilgan bo'ldik. Ondan keyin shu o'tmish bilan kelgusini bog'laydi bunda faoliyatlar. O'tmishdiki shu narsa deb qo'yatganda Nebijakam deganda mening kallam keldi. Hozirgi davrimizdagi xoylar kim degandakchi? Ya qahramonlar kim? Ondagi kelgusi qanday bo'ldi? Dara kallamda o'tmish bilan kelgusini bog'lab bo'ldim. Bu faoliyatning ahamiyati shuningdek muhim. Ondan keyin madaniyatning unutilishi qarshi bir kurash deb tushunsak bo'ldi. Xitoyning barliq biraz deb o'tganimdek madaniyatimizni yo'q qilish uchun, ichini bo'shaltish uchun qilmaganlar qolmadi. Shu faoliyatlar millatda dal madaniyatimizni unutilmaslik uchun bir kuchimdan do'qamdi. Ma sertga bilanday shunga qarshi bir kurash qilish amaliyotda. Ondan keyin 3-nuqtani qarag vaqtimizda madaniyat kimligimizni davomli barpo qilish yoki shakllantirish. Kimlik degan narsa turaqli abstrakt narsa. Jaqadam kimlik desa, ya milliy kimlik, ya etnik kimlik, madaniyat kimlik esi keldi. Turaqli narsa bu. Muqimlashib ketgan. Ammo buni biz canlıqlashtirish uchun, insonlarning hayotiga konkretlashtirish uchun dal shunday faoliyatlar nihoyatda muhim. Masalan, Abdulla Talibni xotirlash orqali biz darhol qalbimizga mashhur shaxslar manda bo'ldi ekan degan narsa canlanib bo'ldi. Ya'ni kimligimiz qaytadan barpo bo'lgandek bo'ldi. Bu nima bilan bo'ldi desa, bütün liseler til bilan so'zlandi. Tilimiz yana bir qadam ishiltish fursatiga erishgan bo'ldik. Ikkinchisi adabiyot. Adabiyotimizningki har xil yarnlarda ekanligini qaytadan his qilib chiqqan bo'ldik. Ya'ni adabiyot orqali kimligimizning qaysi seviyada ekanligini, o'tmishda qanday 100 yil burun, hozir qanday deganni bir qor eslab chiqqan bo'ldik. Adabiyotda davomli biz tushungan narsa shu. Mening o'rganganlarim. Adabiyot söz san'ati. Bir tushunchangni, his tuyg'ungni chiroyli gap bilan ifodalash. Bu xato emas, ammo intayin kamchilik hukm. Adabiyot degan men o'qiganlarimdan adabiyot shunday tushunish kerakki, Abdulla Talib nuqsini tushundirma. Men tug'ilganda mening ota-onam, o'ndagi maktab bo'lganda mening o'qituvchilarim, jamiyat chiqqanda Xitoy yoki ma'lumlar mening qanday odam bo'lishimni menga sizib berganda hamda. Hammamizning shunday. Ondan keyin oliy maktabda shunday bo'ldi. Ya'ni men shaxs sifatida davomli passiv o'rinda. Ammo adabiyot qanday bo'lsa, yo'q. Men hech qasini qabul qilmayman. Men bir inson bu sifatim bilan o'zimning o'ylaganini yozib chiqishim kerak. Men qanday odam, men qanday o'ylayman. Men bir inson bu sifatim bilan yoshurun boyligimni deyish orqali o'zimningki boyligini, qobiliyatimni joriy qildirishim kerak. Ya'ni bir isyon bo'lsa, shu yerda dal adabiyot bo'lgan bo'ldi ekan. Ya'ni g'aribliklarningki ta'biri dal shu. Abdulla Talib amaliyotda dal shunday insonlar. Men tushunganim shunday bo'ldi. Men Nebijakam bo'lmasa, boshqani ko'z bo'lmasin, dal shu vaqtdagi mavjud sistemaga qarshi, mavjud reallikka qarshi, Xitoyning besimiga qarshi farqli yo'llar orqali o'ziningki kalasigini kan tutmay ifodalagan odam. Ya'ni bizim ifodalaymiz. Salli yozmaysa, bize qahramonlarimizmi deganni shu adabiyot orqali ifodalagan. Shu adabiyot degan amaliyotda kimlikning barpo bo'lishi nihoyatda muhim. Shu bugungi faoliyatma shu nuqtani muhim deb qarayman. Ondan keyin yana birisi tavallik. Yani men Uyg'ur degan bir tuyg'u var, ishimiz his var. Dal biz bugun shu Uyg'urlik tuyg'usini his qilgan bo'ldik. Chunki Uyg'ur degan albatta nimalar? Qahramonlik qilmabdi ekan, davlatni qurmabdi ekan, xoyimi chiqiribdi ekan degan bir tuyg'u shakllangan bo'ldi. Ya'ni buni biz qayta yengilgan bo'ldik. Shu faoliyat orqali. Amaliyot shunday faoliyatlar qancha ko'p bo'lsa, shu tuyg'u davomli yengilib turdi, shakllanib turdi. Bunda faoliyat bo'lmagan sari bizning kimligimiz sabit qilib qoldi, yangilanmaydi, biz to'xtab qolamiz. Shunga Jillajikam davomli deydi, eg'zaki zag'irtilan deb qo'ydi, qilsak bo'ldi deb. Amaliyot nihoyat to'g'ri gap. Qancha ko'p shaxslar bo'lsa, muhim shaxslar, shuncha ko'p xotirlansa, bizning kimligimiz qayta yangilangan bo'ldi. Shuningdek o'tmishimiz, kollektiv xotiramiz shuncha jonliq tutilgan bo'ldi. Shunga bu intayin muhim deb qarsak bo'ldi. Tarix ini. Dal shunday faoliyatlar bizningki tarix inimizniki qaytadan jonlanishga nihoyat muhim. Yo'l ko'ksi deb qarayman. Shu qisqagina bir 3 soatlik faoliyatda
Nebice kam şunu da tefsir depedi ki hemmimizin kalısı ha. Burun mandak kent hazır mandak degen tarihi enimiz haydi bir yenilangan oldu. Bu emniyette muş faaliyetini kılış arkalık 100 yıllık şu tarih tarihimizni azırak bilip çıkan olduk. Bilmegenlerimiz bilgen oldu. Bilgenlerimiz olsa kaydı yenilangan oldu. Muş faaliyetinki Türkçesi de. Şu an tarih eni emniyette bir milletin ki tevellik enin küşendiriş en tane mühim dep qarsak ol. Yani tarihni Xitayla emas, demek bizim yazalaydı ikemiz. Nebice kanma üzünki kabiliyet tayinip şunca şarayet, besim şarayet yazalaydı iken diyen nersini ügengen bulduk. Onun için bunda faaliyetin yeni bir ehmiyeti Cemil Sunoksus'un ictimai hamkarlık küçük en tane mühim. İctimai hamkarlık. Yani biz bir şahıs bu işi kıpılamayız. Ama bir ne şaşkıt bir yer kelgende bizden hamkarlığımız bir türlü küçeydi. Amerika'dan, Kanada'dan, Avrupa'dan, gerçi insan sayın az olmasın, Türkiye'den ce kadar niga aldı. Del muş paliyet sebebiden. Emniyet bu ictimai hamkarlıktan küçü. Del muş şahsla yazıp koygalık için biz bir yer ipkili aldı. Bu şunun da paliyetle. Şuna biz de hazır ne mükemmel vakti çetelde diğerindeki vapasızlık yani untuşka aralı turumuz. Onda olan ki yeni birisi ictimai hamkarlık. Cemiyetimizde arka katlamdaki insanlar var. Dindar demiz ya ki başka şey onun teatürü demiz. Veya ki oturup ütüşmezlik, köyrüksüzlük var. Delmişler paliyet emniyeti, muşta şahslar bir yer kelse hemen bir yer epkilerleydi. Bütün Uygur'daki, bütün ictimai katlamdaki insanlarını, yaşlarını, çollarını, kırılarını, onun için dindar sezgisi olan insanlarımızı başkalarını bir yer epkilerleydi. Şuna emniyeti kimlikimizin ki ictimai hamkarlığımızın ki küçüşü de değerli şunda faaliyetle şunçilik mühim dep qarsak buldu. Hem ortak duygu şekillendirdi. Mesela bir Uygur'un ki zulüm duygusuyla Türklerine katı okşamaydı. Türkler zulüm degen vaxtda ya birisini öldürür istep düşündürdü ama biz zulüm degen vaxtda hemimiz sorsak ortak bir zulüm duygusunu değerleyimiz. Bu nime? Değerli şunda şahsiyen sayesinde buldu degen gep. Zulüm çünkü tuyguma millilik iyi. O bize xas nesne. Şu Türkler biz cık nesini düşündürürsek bek kıyınlığımız. Bu şunda mı şulamdı dep. Demek onun kalısı bizden ortaklaşıdığın o tuğun bilmegen boğaçka biz düşündüre gelmek istemez. Ulağın kalısı zihin dünyası da düşüncesi de ondan nesi boğmagallık için kılamayız. Ama men degen zulüm duygusunu hemimiz düşünelim bir şeyde. Ne bizi kam degen ya ki Turgunca yapan degen hemimiz düşünelim. Çünkü ortak duygunu biz ortak hemberherlerimiz. Bu inayeti mühim. Onun için ortak simolla. Simol nokul bir bayrak emez. Ya ki Uygurlara bir kitapla emez. Simol del muşunu koş Abdullah Talip koşaş insanlar bir simol karakterlik insanlar. Namayende dedik ki muşu insanlar simol. Biz müş simolumuzun amanda bir simol varken diyen muşu küçük bir insan ya küçük bir şahıs arkalık bütün milli kimlikimizni aşağı yığa aldık. Muşu paylaştığın şunda ehmiyeti var. Onun için diaspora dedik. Diaspora erkin malım dedi. Muhaciret emas diasporanın kolumuz dep. Diaspora degen şu. Üzünki vatanında uzak yaşaydıgan ama yıltizini vatanında ayırmagan şu şahslarını diaspora deyimiz. Yıltiz yani siyasi noktadan kat'i aramaz. Ondaqda biz diasporada yani muhacirette yaşayotgan boğalıqımız için qanaklımızga vaqtda Xitayning bütün medeniyet siyasetleri karşı özümüzünki muşunda faaliyetler arkalı davamlaştıralımız. Birincisi Xitayning til çeklimiz karşı nahayet Uygur üçümüz arkalı bunu muş faaliyet ötküzüp vaktimiz. Gerçi adam sana az oğum bilen yeni bir kıdım Uygur söz prosesine ben eriştim. Ben devamlı mektep işlesem başka Türkçüyle sözleyim. Ama muş faaliyet arkalı ben kaydıdan yine karşı doğru geldim. Bu nahayet menş ehemmiyetli oluyor. Yani Xitay'nınki til çeklimiz karşı biz müşahede millette Uygur için sözü şarkılık ona cenk ilan kılvatımız diasporada. İkincisi bizimki o yerdeki ziyalılarımızı, akademiklerimizi bir taraf kıvetti. Yani nahayet eğer zulüm uçurattı. Del biz Abdullah Talip Kokşaş şu biz için can köydürgen, bir nersine oturup koygan, Uygurların kimlik edebiyatı da mühim töf bilen koşkan insanlarını tebrikleş arkalık yeni bir kıtım özümüzünki ziyalılarga yani iyi çıkan bulduk. Bu nahayet mühim dep oylayma. Onun için Xitay'nınki baharlık asıl meselesi karşı özümüzün bizim işlerden mevcut. Biz bu şunlar işte kıla alayımız. Gerçi sen hem ya kulun yetken bilen ama bizim zihniyetimizge, ruhi dünyamızga veya ki iş hareketimizge hiç mi hükümranlık kılamayız. Gerçi seninki pulun bilen, teknolojin bilen ya ki bütün küçüğün bilen hemini kontrol kılgandaki oylu varsan ama biz
özümüzdeki aklı bilen, ruhi bilen, itiqadı bilen, başka medeniyet joglarımız bilen şunu qarşı tura alaymiz degan narsa biz bugun biz jang e'lon qilgan bo'ldik. Odatdagidek o'ylab qolgan bo'lishimiz mumkin, ammo bu unda emas. Ondan keyin men shunday aytdim, muhim deb o'ylayman. Bunga o'xshash faoliyatlar amaliyotda dal bizni o'tmishdan hozirgacha olib kelgan bo'lsa, shundaqla bizni kelgusiga olib boradigan shundaqla yosh avlodlarga nisbatan o'zimizningki tarixini yoki madaniyatini yoki tilini yetkazishdan iborat nihoyat yaxshi bir munbar sorun deb qarashga tamamen bo'ldi. Shunga bunda faoliyatlarniki qancha ko'p bo'lishi shuncha yaxshi, chunki kimlik abstrakt dedik. Şun bunu abstrakt narsalar köp varlıqda insanın düşüncesinde, zihin dünyası qilib qoldi. Ama konkretlashtirish uchun bu ishlar faoliyatlarniki qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi. Dedik-ku, bizning mashhur shaxsimiz intayin ko'p, asarlarimiz intayin ko'p, muhim tarixiy kunlarimiz intayin ko'p. Qancha ko'p xotirlansa, shuncha bizning kimligimiz shuncha konkretlashgan bo'ldi. Ba'zi men deb o'tgan tavallik tuyg'umiz, tarixiy engimiz va boshqa shuncha yangilangan bo'ldi deb tushunsak bo'ldi. Oxirgi nuqtamiz bo'lsa, vatanda bu ishni qilib qolamaydi, mumkin emas. Buni jamiyatimiz ikki nuqtadan ayiradi. Birisi yushurun tekist, indiki uchuq tekist deb. Vatanda balki ziyolan qolsa bo'lishi mumkin. Abdulla Talibga o'xshash mushlar ziyolarning to'pisini bilish mumkin. Ammo u yerda jasorat bilan unda qilish fursati mumkin emas. Yo'q. Ammo biz erkin dunyoda ashuna fursat bor. Dal biz mush erkin dunyodan bergan ne'matlardan foydalanib turib, shundaqla mushunga o'xshash mushni his qilgan ziyolarninki sayesi bilan dal biz bu vatanni qilamagan ishimiz mishada qilyapmiz. Amaliyotda buniki faoliyatning ko'lami yoki qatnashgan insonlarning soni kichikda qilgan, ozda qilgan bilan, ammo biz mushni qilish orqali dag'diliq bilan tekstimizni, bizga oid materiallarni, bizga oid madaniyatni, bizga oid insonlarni, bizga oid qadriyatlarni o'tirib chiqargan bo'ldik. Buma nihoyatda muhim deb qarayman. Shunga bu mushundoq elbet etgan vaqtimizda Abdullah Talibni xotirlash faoliyati qandaqdir noqul bir murosim emas. Bu dal bizningki tavallik tuyg'umizni, kimligimizni, kollektiv xotirimizni shundaqla o'zimizningki Xitoyninki kollektiv xotirimizni qarshi ilib borayotgan siyosatga qarshi bir jang deb tushunsak bo'ldi. Hammaga rahmat. Hammaga ko'pdan-ko'p rahmat. Arlaqimizga ko'pdan-ko'p rahmat. Hürmetli yığın iştirakçıları, yığınımızdaki okulgan makalı kısmı müşahede ediyorum. Bunundaki fakat kıskan bir işe esleme var. Abdullah Talib akımız hakkında. Deslepte bu Abdullah Talib akımız hakkındaki eslimesine sözlep bir işe Abdullah Talib'ninki nevrisi Engeliya'dan gelgen Mustafa Halil kardeşimizle bir sahne teklif kılımız. Özüne bu hakkında bir eslimesine bizi takdim kılmakçı. Şu paylık peygamber'e köp rahmet. Bular bugün maqala o'qigan ustozlarga ko'p rahmat. O'qimamni aytdi. Faxrlandim, aytib xo'sh bo'ldim. Bak, hammangni bak yaxshi ayiribsizlar. Abdulla Talib mening ham tag'am bog'im bo'ldi. Ham tag'am deganda meningki onamninki aksi. Bizga bak amroqda ham bir lamsini so'g'an ekan. Bizning oilamga bak yaqin o'tatdik. Ham bizga bak amroqda. Onun mamamda davrlarning ichida bak jiq savol so'raydim shu vaqtda. To'xtamay savol so'raydim qilib. Ama şuna Abdulla dadam mening hayotimga eng chong ta'sir qilgan odamlardan birisi bo'ldi. Men ham bugun bek jiq so'zlamay faoliyatimni tugay deb qoldi. Men bir necha nuqtalar so'zlab o'tay. Rahmatlik bek kichik bir kamtar odamdi. Masalan, cho'ni demeydi, kichik demeydi, tunig'anlar paranglashqalib bo'lmishadi. Am ayali roziyajim shundoq mundaqshaq ayoldi ro'shadan yaxshi bildiki. Mayli cho'ng bo'lsin, kichiklar bo'lsin, qanday savol so'rasa qat'iy tirk qilmaydi. Men hattoki o'zimning otasidan savol so'rasam, otam bir ishqital savol so'rab lachaqqa biroz jil bo'lgandek qachirib savol o'zini. Ama bu Abdulla dadam bilan men bir kun o'ltirib so'ramagan savolim qolmaydi. Shu Lutlam Talibninki, shu Abduniyaz Kamalning hikoyalarini shu vaqtda ismini qilish 80 vaqtlarida dapaga shu to'liq ismi var. Ondan Nebejekam dedi shu romanning chilliqi deb. Mening shu vaqtda bir ta'sir qilishim, shu igarikatni yozayotgan chaqda shu Janub Shinjang, bizning janub tarafda 4-5 ay turgandi. 91 ay turibgan to'q. Shu jarayonda shu Abduniyaz Kamalning singlisi bilan shu vaqt do'stir ekancho. Ay do'stir bilan shu mungdu shu bir ay turdim ekan. Shu bir ay nima qildim desam, ajmallarga bordim, tug'ilgan uylarda qondim. Bütün shu Abduniyaz Kamal bag'an hammaga berib keldim degandi. Şuna belki romanınki çınlık müşahede çıksa ekan. Aslında o romanti aslında povest emasdi. Onunki taxminan yarımını qisqartib, mesela bek mühim bir 3 bab batdi. O 3 babni keyin qisqartganda shu nashriyat basamagан cho'g'ini. Chunki ham onda biraz burunqi tarix biraz zıtlıqcha chiqadi ekan. Mesela Xo'jazojimninki ba'zi hujjatlik
bir vakalıkla vekantok şu bek mühim narsa çıkarıyor deb keyin post chiqargan de. Aş roman yazgan chaqdima o'zi ham taxminan 70 kirib qolgan chaqlar ham de. 70 kirib qolgan bo'lsa as qobiliyati bek yuqori de. Men bayram qiladim bu 70 ga adam qandaqchi bundaqchi narsalarni bilgan deb. Aşu ne bileceğim tarixçi ham tarixchilar bek tafsir so'zlaydi. Shu avlodidan shunday de. Bir narsani so'rasam, biz olsak mundalab javob bermez. Ular aşkı men kino ko'rgandek o'sha bisa kelatdim. Ham bek tafsir tushuntiradi ish qilib turib bayram qiladim bu 70 ga adamdan ajab bir as qobiliyati yuqorilik deb. Ondan ikkinchisi nayte samimiy odamda bir narsani qo'rqmaydi aytgan gapni to'ygan ham yaxshi bo'ldi, u mijoz to'ygan ham yaxshi bildi. Bizga da aytar vaqt samimiy bo'l, yolg'onga qolma deb. Oxirgisi shu hammamizga da yaqin gap, shu tuqqanlarning baldirg'amizga yaqin gap, yaxshi qo'nlar aytdi. Menga cho'ng'anda nima bo'lsa degandim, balkim tijorat jo'g'im bo'lsam, men navoiy bo'lsam bo'l, nima bo'lsam bo'l, ammo senda bir orzuyim cho'qim bir oliy maktab o'qi. Oliy maktab bitirib bo'lgan keyin navoiy bo'lsam mayli, tijorat yo'lamsan nima bo'lsam bo'lsa, ammo oliy maktab o'qimasang senda rozi bo'lmayman degandi. Men mushlik so'zlay. Menlarga tekrar ko'p rahmat. Mustafa Xel kardeşimizin köp rahmet. Ahırda bugünkü faaliyetinin teşebbüsçisi, kolluqçisi, Kanada Uygur Cemiyeti'nin kelgen Tuygun Abdüveli şair akimiz. Şu özünki Abdullah Talip akimiz hakkındaki bir eslimsini bizga taqdim qilmoqchi. Assalomu alaykum. Turkiyaga bir qancha qatim yig'inlar kelgan, birinchi qatim Uyg'urcha eshilgan bir yig'in bo'ldi. Ancha-muncha professor Türkçe aralashtirib qo'ysam, qolganlarni yaxshi Uyg'ur tilida bir yig'in eshildi. Ham Abdullah Talip akamninki menga qoldirgan ta'sirlarini aytijak aslimalari. Ya'ni 1989dan 2002 chet elga chiqishlik bo'lganlikda nurg'un yaxshi ta'sirlarni qoldirgan. Masalan, 96-yili 7-aylarda men Mehmet İsa Tarım jurnalidagi anındaki rahmetli şehit olup ketken Mustafa Qari 99 7-ayının neçisi etvatdı o Ürümçide. Bunlar bir oltadık konsul koçusta. Oltirap şeyde hey Mustafa muşu ittifakta 1000 metreye yığılap gitmedi akşamları. Şu an bir tazılavassan dedi. Bu nimi deydi kandı o da bazı ılkıgı nimi kılmadık. Abdullah Kamı nimi de sen Mustafa biliyordu. Bugün keşte ittifakı basa 10. yolga 100 metreye başa yığılıp oturdu her akşam. Dedi ki Mustafa'dan alınsak aşağıda bir turup kalan kızlar varken de yedim bir yerden kilip. Aşına ayarlarını tazılaptık ya Mustafa şu inkılaptırdı. Keyin andan onu es kıldık. Oldu ki Abdullah Kam kelpünge basa davamlık ya Aksu'da ya kelpünde iki nesine deytti. Okunla. Her kanda öyküse her insan benim apamın ismi. Her insan kaç bilen var? 5 ya 10. Kaçısı okudu da dese okumadı dese şunda deytti de. Keyin bunu bulapmamış 4-5 yılın yayını o yılın yayını Türkiye'de es kıldım. Mektepki kirip bir bala deydi Abdullah Talip. Okumayı her güne mektepten korosuna aylanıp çıkıp kesse buludu deydi. Aylanıp küllü kilip aylanıp çıkıp kesse mektep yüzü kömegen kat mektep yüzü kömegen balıdan ama mektep kirip okumayı aylanıp çıkıp ketken balının farkı var deydi Abdullah Talip. Bunu ma çetelde ma şu Arxil vakalar çıkandaki bunu köydek. Hakikaten balla okuş gerek aldı bir pendi mektepke okumasın şu mektebin için bir aylaniş gerek her günü. O aslımızı nait tesir kozladı. Andım ben çetelge çıkamam dedim 96. yılı. Şuna bir planım bağırsam çetelge apısının emçikini en çin kişilik adam çıkadı. Çıkadı kayemez o dedi. Abdullah Kim boşuna deydikken o bazı şairler ve tevçü vatan ayrılık deyip hem biz kuru gep dava degen vatanda oldu deyip başına bir kaynap sözlep ketken anladıyken eğer tesadüfi çıksan şiir yazıp oltanmay İngiliz dilinin yüzü pasport dedi bunu nimi degen sen çünkü o Uygur şiir yazırsa onu birisi okupasan yolunu ötkezmeydi o İngiliz çok işin gerek deyip. Bu gepler hem de 170 yaş aşka adam sözlese bizge kinoda görünüpken Pakistan'a çıkan günü onu es kıldım da. O ya diye Xitayca ya Uygurca sormağandıken sen de İngilizce sorğandıken şiir okupagenin bunu akmaydıken. Şiir okupayıp can saklığın bulmaydıken. O aslında aşında nasihatleri vardı. Yani İngilizce güneş çettelge imkan var çıkmazlık. Anladığın her bir Uygur dikkat kıldığından işki bir iktisat
birisi o'qish, iqtisod va o'qish shu narsani bek cho'ng tutatdi bu odam. Şu kelpinde, uzanlı basanlı kelpinde her kanda öyle alqılıq savadsız insanlar asacatın yok. Hemmisi mesela şu Abdullah Talip akamның məhəlləsində bolğan üstün qumra qulamdı, tüvən qumra qulamdı bir adamның 10 yılısı 17 oxuğan. Ən tövən Aksu Spende. Yaki Aksu Nongiş Yazgilik Texnikumda mında oxuğan. Şu an kelpinin mağrib cəhətdə naiti ilğarıtı. Abdullah Talip akamның ki bizga o'xshashlar qilgan nurg'un yaxshi ta'sirlari va davomli kulib achchiqlanmay kamtarlik bilan bizga nurg'un yaxshi nimalarni bergan manga qoldirgan bir yaxshi gaplarining birisi yolg'on so'zlagan do'stingdan rost so'zlab turgan dushman yaxshi buni bilib oldi. Shunga men imkon bor hayatımda rast sözleşke tirişime üzem bu yan paka olgan diken bazı kaynap kalaman böyle degende mazalık kirip yüzeyden toşmagan diken bir qalap bir açık gidip tek yakında yüreğimde operasiya kılgan diken üzem tutup aldım. Ama ona muş Abdurrashid muş Erkin Ahmet tek profesörlerin severligi var. Asıl toldurıp gerek değil mi yani? Kıskası Abdullah Talip hazır aramızda. Xuddi Abdülhamid doppesini aramagandek o akımızıma kepki şepkisi vardı, ketmen şepki mi dep koydu. Biz soraydık, neymiş ki bu şepki? O şepkini Nebican Bey'le görüştü. Roşen Reis mi öldürdü yani beni küreşkendi gördü. Okşaş şepkini keydi yetmiş. Bu şepkinin neymiş ki almıştırmayız ya rengi okşamaydı desek Abdullah Ruzbeg'e deydi. Demek yüzü nayet kuşçakçak obda adamte ben her zaman esleyme yanı onun nurgulluğun nasihatler vardı bizge kılgan. Nurgulluğun nasihatleri. Üç efendi doğruluk ya ki birinci işkinci hükümet doğruluk alıqıgı tarixte tatman 300 yan degenden burun 90 yıl bizge kopi kılıp bergen o akimiz mani körep bakanla mahbi dep nurgun nesiller bizge ilham bolgan şu akimizin tesirinden bana hazır chet elde ziyan tartılgan davanın keyinde ama aqsaqımız ketip barımız hammalarga rahmat. Kadarlık iştirakçılar. Bu faaliyetning bu muşna ro'yobga chiqishi, bunday chiroyli o'tkazilishida boshdan oxir keyindan og'ir bir jafoliq xizmat bo'ldi. Bu xizmatdan balkim %80-90%ni shu Amina Sadaf xonim o'zi yolg'iz qildi desak, ortiqlik ketmaydi. Shunga minglarning huzurida bir rahmat aytamiz va bu xulosa so'zi bilan birga bugungi mukofotlash bir faaliyat va oxirgi bugungi yig'inga ishtirok qilganlarni shuni e'lon qilib berishga sahnaga taklif qilamiz. Bundan keyin bir qiraat bilan tugaydi. Assalomu alaykum. Bugungi faaliyatga kelgan barliq ustozlar. Men rostga qilsam faqat qilgan xizmatlarimni chiqib, men qildim deb ko'rinib qilishni yaxshi ko'rmaydim. Shuni Mahmudjonga sizil tug'uting desam, yana ko'nglimay qopti. Aldı bilan men bugungi faaliyatga ajr so'ndigan har qaysi tashkilot rahbarlariga, ajraqdan kelgan mehmonlarimizga, shunaqla bu faaliyatga boshdan oxir moddiy ma'naviy jihatdan kuch chiqargan Tuyg'un Abduveli akamizga, Abdujalil Turan akamizga va hammalarga, ya'ni o'zimga rahmat aytaman. Hozir biz mana sahna kichik bo'lgandan keyin mukofotlaydiganlarni ikkidan olsak, sahnaga chiqib bersanglar. Bugungi faaliyat uchun qimmatli maqolalarni o'qib, bizni nurg'un bilimlar bilan ta'minlagan Nabijon Tursun apandi sahnaga marhamat. Bugungi faaliyat uchun, ya'ni qimmatli vaqtini chiqarib, yaxshi maqolalarni tayyorlab kelgan doktor ustoz Erkin Ahmet apandini sahnaga taklif qilamiz. Shunaqli yana Rayla Kamal xonimni sahnaga taklif qilamiz. Nebijan Tursun apandininki mukofotini berishga doktor Shavkat Nasir apandini taklif qilaman. Erkin Ahmet apandininki mukofotini berishga Turg'unjon apandini sahnaga taklif qilaman. Rayla Kamal xonimninki mukofotini berishga Rushan Abbas xonimni sahnaga taklif qilaman. Hammalarga rahmat. Endi mukofot pulini topshirib olganga doktor Adiljon Uyg'urni sahnaga taklif qilaman. Shundaqla yana Mahmudjon Yosinni sahnaga taklif qilaman.
Tahir Amut Izgül Efendi'ye vakaleten mükafat bölümünü tapşırıp alğanğa Tahir Amut Izgül Efendi'nin kitabını tercüm kılgan bizning hürmetli doktorumuz Nurahmet Qurban Efendi'ni sahne teklif kılma. Tahir Amut Efendi öz kilemligenlik üçün mükafat bölümünü Nurahmet Qurban Efendi'ye teslim kılmız. Şundaqla bu ustazlarga mükafat bölüm biriş üçün Mahmudcan Yasin'a Abdurşit Abdülhamit Efendi'ni sahne teklif kılman. Adılcan Eroygur'a Abdülhakim İdris Efendi'ni mükafat bölüm birişke sahne teklif kılman. Tahir Amut İzgil Efendi'nin mükafatını birişke Hamid Khan Göktürk Efendi'ni sahne teklif kılman. Ahırda bugünkü faaliyetimiz üçün başına ayaq dep ötkendek jiq kuch chiqadi Tuygun Abdüli akimiz. Hatta şunda ağırıp gelip operatsiyalar bulunsunmu yana voz keçmey ahırgacha bizlen birga boldi bugün. Şuna Tuygun Abdüli akimizga bir rahmetimizni bildirip alsak. Tuygun Abdüli Efendi'ninki mükafatını birişke Dünya Uyghur Kurultayı'dan Abdücelil Karimni. Muhtemelen biraz alaydırak mükafat bölümü tayarıldı. İşte parlattık. Atlar bahri buldu yara. Endi ahırda maqal oxumagan bolsunmu? Abdücelil Turan akimizning ko'ngli qo'ymadi, boshqa ustozlarimiz bir ko'nglimizni bildirsek deb, zaten ko'nglimizni tayyor qilgan to'q, shuna bolsunmu? Sahnada bir ishni loyiq ko'rdik. Maqbrat Kamal xonim, Hamid Göktürk Efendi, başqa ustozlarning hammasi mukofotlanmaganlar sahnaga chiqib mukofotlangan avazsanlar bo'ldi. Ro'sha Abbas xonim, Turg'unjon Aloviddin efendim, Abdulhamid efendi. Aka ine tartır nişe Sınel Ayşe boldi payşe Aka ine tartır nişe Sınel Ayşe boldi payşe Ahırda mərhum Ustaz Abdullah Talibninki ro'yiga bir xatni Qur'on qilib berganға tashqarini sahnaga alaylik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım beylenden razı olsun. Kıymetli vaktinden çıkarıp şuna milletimizge, halkımızge töhfe katkan şuna yazgıçlarımızınki hakkında toxtalıp şularınki milletke kılgan töhfelerini bir akura hatırlatıp kanalın emmalını Allah besip kelgandan razı olsun. Zal toşmagan bilen ama bir yerdeki gep sözlerininki kımmeti zaldı nechun toldırıptı. Qarab baksak zal toşmaptı. Şu gepler boldu. Zal tolmaydı anlamda ama zalga qaramaymiz. Bir yerde bolup atkan gep sözler qaraymiz. Bu gep sözler nayet kımmetli gep sözler boldu. Xalq üçün paydalıq nayet yaxşı bir sorun boldu. Şunun üçün ben özüm kelpindi bolumen. Abdullah Talip akimiz kelpin kelgen vaqtda ançımçı sorunlar qatnaşattım. Özüm 11-12 yaş vaqtlarımda. Şu vaqtda mening esimde qolib qolgan bir ikki narsa. Mening dadam bir ahli edim kelpinde biz Iroqdan tuqqan kelemiz. Şu vaqtning o'zida bir so'ragan gepi Muş Muhammed Aleyhisselam'ның ahirki peygamberlikni qanday tushuntiriladi islom dinida dedi. Degan vaqtning o'zida dadam javob berdi ki Muhammed Aleyhisselam muşning o'zini aqli dalillan 101 hadisda deb bergandi. Bir adam bir podsho bir qasrni saqan bo'lsa, o qasrni tutib eng az qolgan vaqtning o'zida bir xishning o'rni qolib qolgan vaqtning o'zida bir xishning o'rni qolib qolgan vaqtning o'zida o xish qo'ya olmabdi. Ziyoratchilar kelibdi, sayohatchilar kelibdi, ko'rib bu qasr bek mukammal bo'lib ketganmish, bir xishning o'rni qolib ketganmish, to'liqlanib ketgan bo'lsa, bu qasr nihoyat mukammal bir qasr bo'ladi ekan. Shu xish men degan. Chunki u xish bilan to'liqlandi, onun ustiga xish qo'ygan bo'lmaydi, yana ziyoda bo'lib qoladi. O elbette kalsa bir çalı okudu. Şununla Allah Subhanahu ve Taala 124 bin peygamberden içinde meni en ahirki peygamber kılıp
Mana bekitdi. Şu hishman şunun bilan bu Allah subhanahu va taoloninki bu saroyi, bu qasrisi men bilan to'liqlandi degan javobni qildi. Men shunda anglagan, ammo shuni bir so'ray deb men sizlardan so'radim. O bir. Ikkinchimiz Qur'oni Karimning tarjimasini aqlimga vaqtlar ekan shu hozir meniki xotirlashimcha Muhammad Salih Hajim bilan biz bir qo'rada o'tiramiz Yo'rimchida. Mush Qur'onning tarjimasini qilish jarayonida til to'g'risida men bilan jiq ham suhbat bo'lgan. Nurg'unlagan lug'at jihatlarda mendan maslahat oladi degan narsani menda o'qib qolgan. Shu hozirgida esimda. Shu ikki narsani xotirimda tutib qo'y. Ya'ni fan jihatga qanday, millatga qanday bir foyda yetkazish sohasida shunday rol o'ynagan bo'lsa-mu, diniy jihatda ham bu tarafdan ham shunday tuhbasi balkan izlanib ekan. Hozir shuni o'ylab, mashallah, bir jiq ishlarni qilib ekan deb, bu yerda nurg'unlagan yangi ma'lumotlarga ega bo'lgan bo'ldik. Allah subhanahu va taolo shu marhumlarimizning gunohlarini mag'firat qilsin. Bir duo qilaylik. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah va fil akhirati hasanah va qina azaban nar. Ey Allah, bizga dunyo oxiratda yaxshilik nasib qilgaysan, ey Allah. Ey Allah, dunyoviy qiyinchiliklarimizni chiqish yo'lida qilgaysan, ey Allah. Ya Allah, barliq ishlarimizni oson qilib bergaysan, ey Allah. Ya Allah, o'zingning rostchil bandalardan qilgaysan, ey Allah. Ey Allah, o'zingning samimiy bandalardan qilgaysan, ey Allah. Ey Allah, insoniyatga manfaat tegadigan bandalardan qilgaysan, ey Allah. Ey Allah, kazzoblardan qilmagaysan, ey Allah. Xoinlardan qilmagaysan, ey Allah. Ya Allah, marhum Abdullah Talib boshchiligidagi butun bizning millatimizga, xalqimizga nurg'unlagan ma'lumotlar bilan tavfiq atgan yozuvchilarimizningki yotgan yerlarini jannat qilgaysan, ey Allah. Ya Allah, millatimizning ustiga kelayotgan kulfatlarni ko'tarib atgaysan, ey Allah. Ya Allah, birlikimizni kuchaytirib bergaysan, ey Allah. Ya Allah, birlikimizni kuchaytirib bergaysan, ey Allah. Ya Allah, aramizga kirgan xoinlarni o'zing kifoya qilgaysan, ey Allah. Ya Allah, aramizdagi josuslarni, xoinlarni, munofiqlarni, ishpo'yinlarni o'zingning taqdir ilohingda hidoyat bo'lsa, hidoyat qilgaysan, ey Allah. Agar hidoyat bo'lmasa, yer bilan yakson qilib atgaysan, ey Allah. Ya Allah, xalqimizga zulm qilayotgan bu zalimlarni yerle yaksan qilib atgaysan, ey Allah. Ya Allah, o'zingning yaxshi bandalaridan qilgaysan, ey Allah. Ya Allah, qilgan etgan ishlarimizni qabul qilgaysan, ey Allah. Muz so'rinimizni o'zingning huzuridagi maqbul so'rinlardan qilgaysan, ey Allah. Ya Allah, muz so'rinimizni vatan millatga, xalqimizga, barliq insoniyatga manfaatli so'rinlardan qilib bergaysan, ey Allah. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi yig'inimiz bu yerda tugadi. Jiroq yaqindan qatnashgan, tashkillagan, xizmat qilgan va qimmatli vaqtini chiqarib bergan hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Hammanglar omon bo'linglar. Allohga omonat. Atlar yana sözdün adaştı. Kani kök büre, Kani kök büre,